نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli izler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sununuz. السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri Avtori Şeyh Mahmud Misri, Uyg'urchaga tercüme qiluvchi İslam Chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح. Ömer ibn Xattob radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Birinci qism. Agar mendan keyin payg'ambar bo'lgan bo'lsa edi, albatta Ömer ibn Xattob bo'lardi. Muhammad alayhissalom. Mana bu farqki, uni aslash bilan so'rinlar ko'ngillik bo'ladi. Kimki Allohdan qo'rqsa, Allah hamma narsani uningdan qo'rqadigan qiladi. Mukofot amalning o'z tipidan bo'ladi degan so'zlar uningda amaliyotga aylangan. U Qur'onni anglab hushidan ketdi. U yig'ilgan holatida uyga ko'tarib opirilib, kunlarcha kishilar uni yo'qlaydi. Uningda qo'rqinishdan boshqa kasal yo'q edi. Uning qo'rqinchisi shu darajaga yetgan ediki, ko'p yig'ilganligidan yoshlari uning yuziga ikki qora siziq qoldirgan edi. U ko'z oldida qimmatlik va bebaho narsalar turib, ko'nglikini yamab kelgan kishidir. U kishi bo'lsa, shayton u mang'an yo'ldan boshqa yo'lda mangdigan kishidir. U Allohning kitobiga nihoyat amal qilguchidir. U Allohning yo'lida jihad qilguchidir. U kishilarni boshqarguchi va Allohga bo'ysunguchining o'zidir. Bo'ysunish insonlarga aylangan va axloqlar qiliqlarga aylanganda nima degan go'zal? Ya'ni inson tirik Qur'onga aylansa nima degan go'zal? Agar odillar tilga ilinsa, u haqiqiy odildir. U kishilarning uxlashi uchun kechini uyqusiz o'tkazgan, kishilarning to'yishi uchun och qolgan kishidir. U musulmonlarning cho'ngini ota, o'tiranchisini qarindosh, kichikini bola qilgan, otasini hurmatlagan, qarindishini yaxshi ko'rgan va bolasiga rahim qilgan kishidir. U ochiq bo'lsa-mu haqni so'zlaydigan kishidir. U musulmonlarning 100 obro'yini shoirlarning birisidan 3000 dirhamga setib olgan kishidir. Hattoki u shoir mundoq degan edi: "Men har xil so'zlarni o'qishga boshlagan edim. Sen ziyon yetkazadigan biror tillashni yoki foyda yetkazadigan biror maqtashni qoldirmading. Sen meni bexilning 100 obro'yini to'kishdan cheklading. U mening tillashimdan qo'rqmaydigan xotirjam bo'lib qoldi." Haqiqatan u zolimlarning taxtlarini titratgan, Kisro va Qaysarlarning qal'alarini yer bilan yakson qilgan. Uning adolatiga zolim va takabburlarmi bosh ekkan. Zulm ümichiklari uning lapildab turgan bayroqlari va g'olib fatihlari oldida tushib ketgan. Rumliqlarni xor qilib, Farislarning kibrini sundurgan va g'azabga uchirgan Yahudiylarni Arab yerim oralidan qo'g'lab chiqargan ummatning tarixidir. U Yahudiylarni kamsitilgan xor holda qo'g'lab chiqardi. U zohid olim, g'ayratlik obid, Allohdan qo'rquvchidir. Haqiqatan u tarix qurlarini nurlantirgan, nuri bo'lgan Ömer ibn Xattob radiyallohu anhudir. U tarix pishonasidagi nurdir, bir kishilik bir ummatdir. Botir imom, fitnalarni yo'qotguchi va sunnatni tirildirguchidir. Ömer ibn Xattob radiyallohu anhu kim? U oddiy soddalik ichida yashagan katta odamdir. Kuch-quvvatlik oddiy odamdir. Adolat va rahim shafqatlik kuchli kishidir. U Arab yerim orali tuqqan, islom parvish qilgan kishidir. U taqvo zohiddirki, uning zohidligi harakat, ziraklik, amal va oila qurish jihatda bo'lsin teshib turadi. U hayot tushunchalaridan ko'plarini tuzatgan. Hayot tushunchasiga o'zining adab axloqidan bo'lgan kattalik va go'zallik to'nini kaydirgan va taqvodorlarga yo'l boshchi bo'lgan o'rgatuvchi ustozdir. U umumiy insonlar dunyosiga yo'qolmas bir ulgini, bir podshohning ulgisini bergan kishidirki,
u padişahning bu sug'usida dunyo g'animatlar va shirin narsalar bilan to'lgan holda yukinib o'tirgan. Padişah uni chiroyliqcha qo'yib bergan va kishilarga uni mardlarcha taqdim qilgandir. U insonlarga dunyoning yaxshi narsalarini taqdim qilib, ozdirdigan narsalardan ularni qo'g'dab qoldi. Hattoki u yo'qolib ketadigan bu narsalarning aloqasidan qo'lini qoqqan vaqtda o'zining kunduzlik va kechilik safarini boshlavatdi. U tapanni ko'ydirilgan chuyish vaqtida sadiqa mollaridan bo'lgan bir tugining yo'qolib ketishidan ansirab, kaynidan yuguraydi yoki to'lg'oq azobi tortayotgan yot bir ayolga yoki qop qorong'u kechada jon talishayotgan kichik bolalarga mezilik tomoq etib berish uchun qozonga engishib yuratdi. U bir necha qatim uning ko'z qarashi va so'ziga muvofiq holatda Qur'on oyatlari tushgan kishidir. U musulmon bo'lishi g'alaba bo'lgan, hijrati yordam bo'lgan, boshqurishi odillik bo'lgan kishidir. U ummatning faruqi, Allohga ko'p qaytquchi Xattobning o'g'li Umar radhiyallohu anhudir. Amaliyotda bu pokiz, taqvo kishiga yaqinlashish, nafsiga yaxshi ko'rishi e'tibori bilan aytganda surlik bir ishdir. Chunki Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shundoq turdagi bir kishiki, uning tarixini o'qigan vaqtingda xuddi sen bu kamtar kishining o'zi bilan billa o'ltirgandek seni sur bosadi. Uning tarixidan yozilgan ko'rinish faqatla bu qahramonni ko'z bilan ko'rgilib bo'lmaganini hisobga olmaganda tirik ko'rinishidan farq qilmag'ili tas qiladi. Shundoq faqatla ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi. Ammo qalblar ichidagi ko'zlarchi. Umar radhiyallohu anhuning tarixini o'qigan vaqtda xuddi uning bilan yashayotgandek, uning bilan o'ltirayotgandek, ulug' amallarni, qahramonlarning qurbonliklarini tarix peshonasiga va kunlarning biriga naqsh qilgandek, eng go'zal yordamlarni ko'z bilan ko'rgandek his qiladi. U ummatning faruqi, Allohga ko'p qaytquchi Xattobning o'g'li Umar radhiyallohu anhudir. Zubayr radhiyallohu anhu mundoq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Quraysh kattalaridan edi. Jahiliyatda elchilik vazifasi uning edi. Chunki Qurayshlar bilan boshqalar orasida jang bo'lganda ular elchi avatadi. Agar ular bilan munozirlashsa yoki faxrlanadiganlar faxrlansa, ular Umar radhiyallohu anhu ga rozi bo'lib, munozirlashguchi va faxrlanguchi qilib avatadi. Tarixshunoslar mundoq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Badr, Uhud, Xandak, Rizvon bay'ati, Xaybar, Makka fathisi, Hunayn va boshqa g'azotlarga qatnashgan. U kishilar ichida kofirlarga eng qattiq qo'l edi. Payg'ambar alayhissalom uningga bir necha qatim madihiya o'qigan va uning ko'krigiga ko'p medallarni taqagan, yana uni mukofotlagan edi. Payg'ambar alayhissalomning duosi Umar radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Umar radhiyallohu anhuning musulmon bo'lish qissasini rivoyat qiladigan nurg'un rivoyatlar bor. Bu rivoyatlarning ko'pinchisi ojiz, lekin mashhur rivoyatlardir. Masalan, ko'pincha kishilar rivoyat qiladigan Umar radhiyallohu anhuning hamshirisi Fatimaning va eri Sa'id ibn Zaydning yoniga kirganlik qissasi va uning Ka'ba yo'piqining kaynida turib payg'ambar alayhissalomdan Qur'on anglaganlik qissasi qatorliqlar. Kuchlik bo'lgani shuki, Alloh eng yaxshi bilguchidir. Umar radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishining asosiy sababi payg'ambar alayhissalomning uningga qilgan duosi edi. Payg'ambar alayhissalom mundoq duo qilgan edi: Ey Alloh, bu ikki kishining sana eng suyumlik bo'lgani bilan Abu Jahl ibn Hisam bilan yoki Umar ibn Xattob bilan islomni aziz qilgin. Bu ikki kishining Allohga eng suyumlik bo'lgani Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ekan. İmam Buxoriy Umar radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishi to'g'risida yana bir sababni keltirgan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi: Umar radhiyallohu anhuning bir narsa to'g'risida men uni mundoqmikin deb o'ylayman deganini anglasamla uning deganidek chiqadi. Bir kuni Umar radhiyallohu anhu
o'ltirug'liq edi. Uning yenidan chiroyli bir odam o'tdi. Umar radhiyallohu anhu: "Gumonim xato chiqib qoldi. Bir bo'lsa bu odam jahiliyatdagi dinda yoki u kishilarga palkashlik qiladi. Uni yenimga chaqirib kelinglar" dedi. U chaqirib kelinganda uningga bo'lgan ahvolni dedi. Heliqa odam: "Bir musulmon odamning bugünkidek qarshi ilinganligini ko'rmagan edim" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Men faqat sening menga xabar qilganingga jazm qilaman" dedim. U odam: "Men jahiliyatda kishilarga palkashlik qilardim" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Ayol jining sana elib kelgan eng hayron qolarli xabar qaysi?" dedi. U odam: "Bir kuni bozorda edim. Ayol yenimga keldi. Uningda qo'rqinch borligini sezdim. U jillarning o'g'irliqcha anglashdan qaytib kelgandan keyin qayta anglashdan umidini uzganligini, to'ga va egarlarga qo'shilib ketganligini ko'rmadingmi?" dedi. Umar radhiyallohu anhu mundoq dedi: "U rost aytdi. Bir chaqda men ularning ilohlarining yanida uxlayotdim. Bir odam bir mo'zayni elib kelib bo'g'izladi. Ondan uni bir tovlig'ichi mundoq deb tovladi. Men uningdanmi ovozi qattiq tovlig'ichini anglamagan edim. Ey ko'rimsiz, muvaffaqiyatlik bir ish bor. Fasohatlik so'zlaydigan bir kishi sendan boshqa haqiqiy ma'bud yo'q deyotdi. Kishilar cho'chib sakrab ketishdi. Men buning keynida nima bor ekanligini bilmagicha midirlamayman" dedim. Ondan u: "Ey ko'rimsiz, muvaffaqiyatlik bir kishi bor. Fasohatlik so'zlaydigan bir kishi bir Allohdan boshqa haqiqiy ma'bud yo'q deyotdi" dedi. Men turib ketdim. Uzoq o'tmay bu payg'ambar ekan degan xabar keldi. Hafiz Fathul Barida mundoq deydi: Abdur Umar radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishining babidagi bu qissasini keltirish orqali bu qissa uning musulmon bo'lishining sababi ekanligi haqida kelgan Aisha radhiyallohu anha va Talha radhiyallohu anhuning Umar radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatiga ishora qilgan. Abu Naim Dalailda mundoq rivoyat qiladi: Abu Jahil Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'ltirgan kishiga yuz ustiga berishga kepil bo'ldi. Umar radhiyallohu anhu aytdi: "Men uningga: "Ey Abul Hakam, bu kepillik to'g'rimi?" dedim. U: "Ha, dedi." U mundoq deydi: "Men payg'ambar alayhisalomni o'ldirishni iroda qilib, qilichimni esib chiqdim va kishilar bo'g'izlamoqchi bo'layotgan bir mo'zayning yenidan o'tdim. Berib qarasam birsi mo'zayning qo'rsqidan. Ey zarh jamiyati, muvaffaqiyatlik bir ishi bor, bir kishi fasohatlik til bilan chaqiryotdi" deb to'ladi. Men ichimda bu kishi meni demakchi dedim. U mundoq deydi: "Ondan men qiz qarindishimning yeniga bordim. Uning yanida Sa'id ibn Zayd radhiyallohu anhu bor ekan. Ondan u o'zining musulmon bo'lish to'g'risidagi uzun qissasini bayon qildi." Ondan keyin Hafiz rahimahulloh mundoq deydi: "Uning, ya'ni Buxoriy rahimahullohning bu qissasiga munosabatlik bo'lganligi uchun keyingi hadisni, ya'ni 5-hadisni keltirganligi haqida o'ylanadi. Uning musulmon bo'lganligi to'g'risida kelgan mashhur rivoyatlar. Uning musulmon bo'lish qissasi to'g'risidagi rivoyatlarga berilgan hukmlarni bayon qilish bilan birga, ana shu mashhur rivoyatlarning bir qismiga quloq solinglar. Ibn Ishoq Ummu Abdullah binti Hasma rahimahullohdan rivoyat qiladi-ki, u mundoq deydi: "Alloh bilan qasamki, biz Habashistonga safar qilib o'tdik. Amir erini demakchi, ba'zi hojatlari uchun ketgan edi. Tuyuqsiz Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu kelib yenimga kirdi. U mushrik holatida edi. U mundoq deydi: Biz uningdan ko'p sinoqlarga, azor va qattiqchiliklarga uchragan edik. U mundoq deydi: Umar radhiyallohu anhu: "Ey Ummu Abdullah, bu ko'chishqu" dedi. Men: "Shundoq, Alloh bilan qasamki, Allohning ziminiga chiqib ketimiz. Sizlar bizga aziyat berdinglar, bizni azobladinglar, toki Alloh bizga kengchilik bergay" dedim. U mundoq deydi: "Umar radhiyallohu anhu sizlarga Alloh hamroh bo'lsin" dedi.
Men uningda ilgili ko'rilib boqmagan muloyimlikni ko'rdim. Ondan u bizning chiqib ketishimizga g'amkin bo'lgan holda qaytib ketdi. U aytadi: Amir radhiyallohu anhu keraklik narsalarni elib kelgan edi. Men uningga bir oz ilgari Umar radhiyallohu anhuning muloyimligini va uning bizga g'amkin bo'lganligini ko'rgan bo'lsang eding, dedim. Amir radhiyallohu anhu uning musulmon bo'lishini umid qilib qoldingmi, dedi. U aytadi: Men ha dedim. Amir: Sen ko'rgan bu odam Xattobning ishiga musulmon bo'lmaguncha musulmon bo'lmaydi, dedi. U mundaq deydi: Amir radhiyallohu anhu Umar radhiyallohu anhuning islom ahliga qilgan qo'polligi va qattiqlikni ko'rganligi uchun ummidsizlanib shundoq degan edi. Ibn Ishoq mundaq deydi: Menga yetgan xabarda Umar radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishi mundaq bo'lgan. Umar radhiyallohu anhuning hamshirasi Fatima binti Xattob Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufaylining nikohida edi. Fatima radhiyallohu anha musulmon bo'lgan. Uning eri Said ibn Zayd radhiyallohu anhu musulmon bo'lgan edi. U ikkisi musulmon bo'lganligini Umar radhiyallohu anhudan yushuratdi. Uning qavmidan Bani Adi ibn Ka'b jamoatidan Nuaym ibn Abdullah an-Nahhan radhiyallohu anhu musulmon bo'lgan edi. U qavmidan qo'rqib musulmon bo'lganligini yushuratdi. Xabbob ibn Arad radhiyallohu anhu Fatima binti Xattob radhiyallohu anhaning yeniga Qur'on o'qish uchun berib kelib turatdi. Bir kuni Umar radhiyallohu anhu qilichini esib, payg'ambar alayhissalom va uning hamrohlaridan bir to'p kishilar bilan ko'rishishni iroda qilib chiqdi. Uningga ularning Safa tog'ining yenidagi bir uyga to'plashganligi ma'lum qilingan edi. Ular har ayol bo'lib 40 ga yaqin kishi edi. Payg'ambar alayhissalomning yanida Habashistonga chiqib ketgan kishilar qatorida chiqib ketmay, payg'ambar alayhissalom bilan Makkada turib qolgan kishilar ichida payg'ambar alayhissalomning tog'isi Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhu bor edi. Uningga Nuaym ibn Abdullah uchrab qilib: "Ey Umar, qayerga borasan?" dedi. Umar radhiyallohu anhu Muhammad alayhissalomni Qurayshlarning hokimiyatini parchalagan, aqlli kishilarni ahmoqqa chiqargan, dinini ayiblagan va ilohlarni tillagan bu dinsizni izlab mongdim, uni o'ltirib etiman, dedi. Nuaym: "Ey Umar, sen o'zingdan mag'rurlanib qapsan. Muhammad alayhissalomni o'ltirsang, Abdummanaf jamoati seni yer yuzida mengib yurgil qo'yarmi? Sen uyingga qaytib, uyingdagilarning ishini o'ngshimamsan", dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Qaysi uydagilarni?" dedi. Nuaym: "Ki o'g'ling va tog'ongning o'g'li bo'lgan Said ibn Zayd ibn Amr va hamshirang Fatima binti Xattob radhiyallohu anhuma. Alloh bilan qasamki, ular musulmon bo'lib Muhammad alayhissalomning diniga ergashdi. Sen shularni o'ngshig'in", dedi. Umar radhiyallohu anhu kuyovli va hamshirasidan bu ishni so'rash uchun ularning uyiga bordi. U ikkisining yanida Xabbob ibn Arad radhiyallohu anhu bor bo'lib, Sura Taha yozilgan bir varaqni u ikkisiga o'qib berayotdi. Ular Umar radhiyallohu anhuning ovozini anglaganda, Xabbob radhiyallohu anhu ularning bir hujrasiga yoki o'ylarning biriga yushirinib oldi. Fatima binti Xattob radhiyallohu anha heliqa varaqni elib yutisining ostiga besib oldi. Umar radhiyallohu anhu uyga yaqinlashgan vaqtda Xabbob radhiyallohu anhuning u ikkisiga bir narsa o'qib berayotganligini anglagan edi. U kirganda, "Mening anglaganim nima ovoz?" dedi. U ishkaylan, "Hech narsa anglamading", dedi. U: "Ha, Alloh bilan qasamki, menga ikkinglarni Muhammad alayhissalomning diniga ergashganlik xabari yetdi", dedi va kuyovli Said ibn Zaydga hujum qildi. Uni eridan to'sib qilish uchun hamshirasi Fatima binti Xattob radhiyallohu anha turib uning yeniga borgan edi. Umar radhiyallohu anhu uni urib, ya'ni yuzini yerivatdi. Umar radhiyallohu anhu shunda qilgandan keyin uningga hamshirasi va kuyovli: "Ha, biz musulmon bo'ldik. Alloh va uning payg'ambariga ishondik. Xiyolingga kelganini qil", dedi. Umar radhiyallohu anhu hamshirasidagi qonni ko'rib qilgan ishiga pushaymon qildi va to'xtadi. U hamshirasiga:
men boyi sizlarning o'quvinglarni anglagan varaqni menga bergin. Muhammad alayhissalom nima elib kelganiga qarab boqay dedi. Umar radhiyallohu anhu xat yozalaydi. U shundoq degan vaqtda hamshirisi uningga biz sening u varaqqa yomonlik qilishingdan qo'rqamiz dedi. Umar radhiyallohu anhu qo'rqma dedi. Va uni o'qib bo'lganda Fatima radhiyallohu anhuga chuqum qaytirib beradiganlik haqida ilohlari bilan qasam ichdi. Umar radhiyallohu anhu shundoq degan vaqtda hamshirisi uning musulmon bo'lishini umid qilib, "Ey qarindishim, sen shirik keltirgan holatingda bir nejissan. Bu g'araqni faqat pok bo'lganlarla tutudi" dedi. Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib yuyundi. Ondan hamshirisi uning varaqni berdi. Uningda sura Taha bor edi. Umar radhiyallohu anhu uni o'qidi. Uning beshini o'qibla, "Bu nima degan yaxshi, nima degan ulug' so'zlar" dedi. Habab radhiyallohu anhu buni anglab uning yeniga chiqdi va uningga, "Ey Umar, Allah bilan qasamki, men haqiqatan Allah seni o'z payg'ambarining duosiga xos qilgan bo'lishini umid qilaman. Men tunigun uning, ey Allah, islomni Abu Hakim ibn Hisham bilan yoki Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan kuchlantirgan deganligini anglagan edim. Allohdan qo'rqin ey Umar" dedi. Shu vaqtda uningga Umar radhiyallohu anhu, "Ey Habab, meni Muhammadning yeniga boshlab borgin yoki uning yeniga berib musulmon bo'lay" dedi. Habab radhiyallohu anhu uningga, u Safa tig'ining yenidagi bir uyda, u yerda uning bilan hamrohlardan bir to'p kishilar bor dedi. Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom va uning hamrohlarining yeniga berishga iroda bog'ladi. U yerga berib eshikni qoqdi. Ular uning ovozini anglaganda payg'ambar alayhissalomning hamrohlaridan bir kishi turib eshikning yuchiqidan qaradi. Umar radhiyallohu anhuni qilichini osgan holatda ko'rib, qo'rqqan holda payg'ambar alayhissalomning yeniga qaytib kelib, "Bu Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qilichini osgan holda turdi" dedi. Hamza ibn Abdul Mutallib radhiyallohu anhu uningga ruxsat qilgan. Agar u yaxshilikni iroda qilib kelgan bo'lsa, uningga yaxshi muomala qilamiz. Agar yomonlikni iroda qilib kelgan bo'lsa, uni o'z qilichi bilan o'ltirmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga ruxsat qilgan dedi. Heliqa odam uningga ruxsat qildi. Payg'ambar alayhissalom turib u tarafga mo'di. Hattoki uning bilan hujrada uchrashdi. Uning balbag'idan yoki to'nining o'ttirisidan tutib, o'zi tarafga qattiq tortdi va "Ey Xattobning o'g'li, bu yerga nimaga kelding? Allah bilan qasamki, Allah sana birer musibat tushirmaguncha seni yonmaydigan deb o'ylayman" dedi. Umar radhiyallohu anhu, "Ey Allohning payg'ambari, men Allohning payg'ambariga va Allah huzuridan kelgan narsalarga iymon etqila keldim" dedi. Payg'ambar alayhissalom takbir aytdi. Uydagi payg'ambar alayhissalomning sahobalari Umar radhiyallohu anhuning musulmon bo'lganligini bildi. Ondan payg'ambar alayhissalomning sahobalari Hamza radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishi bilan Umar radhiyallohu anhuning musulmon bo'lganligi uchun qalblari suyungan holda tarqalib ketishdi. Ular bu ikkilanning payg'ambar alayhissalomni qo'g'daydiganligini va bu ikkilan orqali ular dushmanlardan intiqom ola oladiganligini bildi. Mana bu Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishi to'g'risida Madinalik rivoyat qilguvchilarning qilgan so'zidir. İbn İshaq mundoq deydi: "Menga Abdullah ibn Abu Najih al-Makki hamrohlari Ato va Mujohiddin yoki shuni rivoyat qilgan kishidan so'zlab berdi. Ularning so'zlab berishicha, Umar radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishi mundoq bo'lgan. Umar radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Men islomdan yiroq edim. Jahiliyat davrida men haraqni yaxshi ko'radigan va haraq ichadigan bir haraqkash edim. Bizning Hazura degan joydagi Umar ibn Abid ibn Imron al-Mahzumi jamoatining uylari yanida bir so'rinimiz bor edi. U yerga Qurayshlik kishilar to'plashadi. U mundoq deydi: Bir kishisi so'rindoshlarimni izlab, ularning shu so'riniga chiqdim. U mundoq deydi: Ularninkiga borsam, u yerda ulardan hech kimni topolmadim. U mundoq deydi: Men paloni haraq sotquchining yeniga borsam, u Makkada haraq sotadi. Balkim uni yenidan haraq tepib icha olishi mumkin dedim. U mundoq deydi: Men Ka'baga berib, Ka'bani 7 yoki 70 tavob qilsam dedim. U mundoq deydi: Shuning bilan Ka'bani tavob qilishni maqsad qilib masjidga keldim.
Shu vaqtda payg'ambar alayhissalom o'ri turib namoz o'qiyotgan ekan. Payg'ambar alayhissalom namoz o'qiganda Sham tarafga oldini qiladi. Ka'bani o'zi bilan Sham o'tirsida qoldiradi. Qora to'rik bilan o'ng tarafdagi to'rik o'tirsida bo'sh yer bor edi. U mundaq deydi: "Men uni ko'rgan vaqtimda Alloh bilan qasamki, bu kecha Muhammadga quloq solib, uning nima deydiganligini anglab baqsam" dedim. U mundaq deydi: "Ondan uniga quloq solish uchun yaqinlashsam, uni cho'chitib qo'yman dedimda, tosh tarafdan kelib Ka'ba yopiqining ostiga kirdim. Ondan asta mengishga boshladim." Payg'ambar alayhissalom o'ri turib Qur'onni qiroat qilib namoz o'qiyotgan edi. Men uning qibla tarafida uningga oldimni qilib turdim. Men bilan uning orasida Ka'ba yopiqidan boshqa narsa yo'q edi. U mundaq deydi: "Qur'onni anglagan vaqtimda Qur'onga qalbim yumshidi. Ondan yig'ladim va islom qalbimga kirdi. Payg'ambar alayhissalom namozini tugutib qaytqucha shu o'rinda madirlamay turdim. Payg'ambar alayhissalom qaysa Ibn Abi Husaynning hovlisiga chiqatdi. Bu uning o'tish yo'li edi. Hattoki yuguradigan joydan kesib o'tib Abbas ibn Abdul Mutallib bilan Ibn Azhar ibn Abdi Avf Azhrining hovlisi orasiga, ondan Ahnas ibn Shurayqining hovlisiga kiradi. Hattoki o'zining uyiga kirib ketadi. Uning uyi Muaviya ibn Abu Sufyanning ilkidagi Alachpar hovlida edi. Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men uningga Abbas bilan Ibn Azharning hovlisi orasiga kirgucha agashdim. Payg'ambar alayhissalom ovozimni anglaganda meni tunidi. U meni o'ziga ziyon yetkazish uchun agashdi deb o'ylab meni to'sdi. Ondan: "Ey Xattobning o'g'li, bundaq vaqtda nimaga kelding?" dedi. U mundaq deydi: "Men Allohga, Allohning payg'ambariga va u Alloh huzuridan elib kelgan narsalarga iymon etish uchun keldim" dedim. Payg'ambar alayhissalom Allohga hamd va sano aytdi. Ondan: "Ey Umar, Alloh seni hidoyat qildi" dedi. Ondan ko'kragimni silab, mening mustahkam turishimga duo qildi. Ondan payg'ambar alayhissalomning yenidan qaytib ketdim. Payg'ambar alayhissalom uyiga kirib ketdi. Ibn Ishoq mundaq deydi: "Yuqorqilarning qaysisi yuz berganligini Alloh yaxshi bilguchidir." Ibn Ishoq mundaq deydi: "Menga Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning ozodkardisi Nafi'a Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini so'zlab berdi. Atam Umar radhiyallohu anhu musulmon bo'lganda Qurayshlardan qaysi kishi so'zini bak to'shuydi dedi. Uningga Jamil ibn Ma'bar al-Jumahi deyildi. Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Uning yeniga atiganda bordim. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men uning kaynidan agishib, uning nima qiladiganligini ko'rish uchun atigan bordim. Men ko'rganimning hammasini tushunalaydigan yigit edim." Umar radhiyallohu anhu Jamilning yeniga kelib: "Ey Jamil, mening musulmon bo'lib Muhammadning diniga kirganligimni bildingmi?" dedi. Umar radhiyallohu anhu uning yenidan qaytmay turib, Jamil to'nini so'rab o'rnidan turdi. Uning kaynidan Umar radhiyallohu anhu mangdi. Men atamning kaynidan mangdim. Jamil masjid darvozasining yanida turib ullik ovozi bilan to'ladi: "Ey Quraysh jamoati, Qurayshlar Ka'ba atrofidagi so'rovlarda edi. Bilinglarki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dinidan chiqibdi" dedi. U mundaq deydi: Umar radhiyallohu anhu uning kaynida turib, u yolg'on aytdi: "Men musulmon bo'ldim va bir Allohdan boshqa haqiqiy ma'budning yo'q ekanligiga, Muhammad alayhissalomning Allohning bandisi va elchisi ekanligiga guvohlik berdim" dedi. Ular Umar radhiyallohu anhuga qarshi qo'zg'aldi. Umar radhiyallohu anhu ular Umar radhiyallohu anhu bilan urushib ketdi. Ular kun tiklashgacha urushdi. U mundaq deydi: Umar radhiyallohu anhu charchab o'ltirib oldi. Ular Umar radhiyallohu anhuning beshida o'ri turadi. Umar radhiyallohu anhu: "Xolig'ininglarni qilinglar. Alloh bilan qasam qilamanki, agar biz 300 kishi bo'lgan bo'lsak, yoki biz uni sizlarga tashlab beradik, yoki bo'lmasa sizlar uni bizga tashlab beradinglar" dedi. Ular shundoq deb turadi. Yo'lliq to'n va kashtilangan ko'ylak kiygan Qurayshlik bir bovay kelib, uning yanida to'xtadi. Ondan: "Sizlarga nima bo'ldi?" dedi. Ular: "Umar dindan chiqdi" deyishdi. U bovay: "Undaq bo'lsa nima bo'pti? Bir kishi o'zi uchun bir ishni tanlabdi. Sizlar nima qilmoqchi? Sizlar Adi ibn Kayb jamoatini, o'z hamrohini sizlarga mushundoq topshirib beradi deb o'ylamsalar, bu odamni qo'yib etinglar" dedi. U mundaq dedi: "U kishilar xuddi uningdan soldirilgan kiyimdek bo'lib qoldi." U mundaq dedi:
dadam Madinaga hijrat qilgandan keyin uningga dada sen musulmon bo'lgan kuni Makkada ular sen bilan urushayotganda kishilarni sendan to'sib qolgan kishi kim dedim. Dadam o'g'ilchqon u As ibn Vail as-Sahmi dedi. İbn Hisham mundaq deydi. Manga ilmli kishilarning ba'zisi İbn Ömer radiyallahu anhuning mundaq deganligini so'zlab berdi. İbn Ömer dada sen musulmon bo'lgan kuni Makkada ular sen bilan urushayotganda kishilarni sendan to'sib qolgan kishi kim? Allah uningga yaxshi mukofot bersin dedi. Ömer radiyallahu anhu o'g'ilchiqim u As ibn Vail Allah uningga yaxshi mukofot bermasin dedi. Uning musulmon bo'lishi islomning g'alaba qilishi va kuchayishiga katta sabab bo'lgan edi. Chunki u kuch-quvvat va shijoat jihatda boshqalardan farqlanib turadi. U Allah haqida malomatchining malomatidan qo'rqmaydi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallohu anhu mundaq deydi. Haqiqatan Umar radiyallohu anhuning musulmon bo'lishi g'alaba, hijrati yordam, xalifaligi rahmat bo'lgan edi. Biz Umar radiyallohu anhuning musulmon bo'lganiga qadar Ka'baning yonida namoz o'qiy olmaydik. U musulmon bo'lganda Ka'baning yonida namoz o'quvchicha Qurayshlar bilan urushdi. Bizmi uning bilan namoz o'qidik. Abdullah ibn Mas'ud radiyallohu anhu mundaq deydi. Biz Umar ibn Xattob radiyallohu anhu musulmon bo'lganiga qadar Ka'baning yonida namoz o'qiy olmaydik. Umar radiyallohu anhu musulmon bo'lganda Qurayshlar bilan urushdi. Hatto Ka'baning yonida namoz o'qidi. Bizmi uning bilan namoz o'qidik. Umar radiyallohu anhuning musulmon bo'lishi payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan Habashistonga chiqib ketgandan keyin bo'lgan edi. Hürmetlik anlıqçılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerni büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالية نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetlik azizler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlıq kitabını huzuruna sununuz. السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي منيا فملء الكون أسراح. Ömer ibn Xattob radiyallohu anhu Allah ondan razı bo'lsin. İkinci qism mushriklarni xor qilgan hijrat. Ömer radiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning keynidan hijrat qilishni iroda qilgan vaqtda mushriklar oldida shundoq bir o'rinda turdiki, bu o'rinda u mushriklarni xor qildi. Ularning ojizligini oshkorladi va ularning qalbiga qo'rqinch soldi. Abdullah ibn Abbas radiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Manga Ali ibn Abu Talib radiyallohu anhu mundaq dedi. Muhojirlardan men bilgan kishilar faqatla maxfiy hijrat qilgan edi. Lekin Umar ibn Xattob radiyallohu anhu hijrat qilmoqchi bo'lganda qilichini osdi, yochiqini oldi, qo'liga bir necha o'qni sug'urib oldi va neyisini ilib Ka'ba tarafga yurib ketdi. Qurayshlardan bir to'p kishilar Ka'baning hovlisida edi. Ömer radiyallohu anhu xotirjam holda Ka'bani 7 qatim tavob qildi. Ondan keyin maqomi Ibrohimga kelib 2 rakat namoz o'qidi. Ondan cho'rdab o'tirgan kishilarning yonida birdan to'xtab, bu yuzlar sat bo'lib ketsin. Alloh faqat mushriklarni xor qiladi. Kimki onasini yig'latishni, bolasini yetim qilishni, ayolini tul qoldirishni xolasa, mushu jilg'ining keynida men bilan uchrashsin dedi. Ali radiyallohu anhu mundaq deydi. Uningga ojizlardan bir to'p kishilardan boshqa hech kim ergashmadi. Umar radiyallohu anhu ularga ilm berdi va yo'l ko'rsatdi va yo'liga ravon bo'ldi. Umar radiyallohu anhuning fazilatlaridan bir guldasta. Mana bu ummatning Faruqi radiyallohu anhuning fazilatlaridan xushbiroq bir dastidir. Agar biz uning yaxshilik va fazilatini sanab o'tmoqchi bo'lsak, necha tom kitoblarni yozishga to'g'ri keladi. Biz hergizmi hamma fazilatlarni sanab o'tishga qodir bo'lolmaymiz. Lekin bizga ummatning Faruqi
Ömer radiyallohu anhu to'g'risida kelgan ba'zi fazilatlar bilan tunishish yetarlidir. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Abu Bakr nima degan yaxshi kishi, Ömer nima degan yaxshi kishi. Abu Sa'id al-Khudri radiyallohu anhudan rivoyat qilinudiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Jannatga yuqori darajaga erishgan kishilarni tuvan darajadagilar xuddi sizlar osmon ufug'iga chiqqan yulduzni ko'rgandek ko'radi. Shak shubhisizki Abu Bakr va Ömer shulardandir. U ikkalan ne'mat berilgan kishilardir. Abu Hurayra radiyallohu anhudan rivoyat qilinudiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Sizlardan ilgari o'tgan ummatlar ichida payg'ambar bo'lmasimi ilhom berilgan kishilar bor edi. Agar mening ummatim ichida shundoq bir kishi bo'lsa, u kishi Ömerdir. Zakariya ibn Abu Zaid tuvandagi rivoyatni ortiq keltirgan. Said Abu Hurayra radiyallohu anhudan rivoyat qildi-ki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Bani Isroilning sizlardan ilgari o'tgan kishilar ichida payg'ambar bo'lmay turib, to'g'risini so'zlaydigan kishilar bor edi. Agar ummatim ichida shundoq kishi bo'lsa, u Ömerdir. İbn Asir mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalomning ilhom berilganlar degan so'zning gumon va faraz bilan so'zlasimi, xuddi kishilar uningga deb bergandek to'g'ri so'zlaydigan kishilar demakchidir. Hadisda buning tafsiri ilhom berilganlar deb uchiq kelgan. İlham berilguchi degan ko'ngliga bir narsa kechganda, uni faraz, o'y-fikr va farosat bilan so'zlaydigan kishidir. Bu bo'lsa Alloh taoloning bandalaridan Ömer radiyallohu anhuga o'xshash o'zi xohlagan kishilarga xos qilgan bir ishdir. Anas ibn Malik va Ali ibn Abu Talib radiyallohu anhumadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr va Ömer to'g'risida mundoq degan: Bu ikkisi payg'ambar va elchilardan qolsalar, ilgirki va keyingi jannat ahli yigitlarining xo'jasidir. Ey Ali, u ikkisiga buni demagin. Uqba ibn Amirdan rivoyat qilindiki, u mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim. Agar mendan keyin payg'ambar bo'lgan bo'lsa edi, Ömer ibn Xattob bo'lgan bo'lardi. Abdullah ibn Ömer radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Haqiqatan Alloh taolo haqni Ömerning tilida va qalbida bayon qildi. Abdullah ibn Ömer radiyallohu anhu mundoq degan: Kishilarga biror ish yuz berib, bu ish to'g'risida kishilar bir narsa deb, Ömer yana bir narsa desa, Qur'on Ömerning deganidan tushadi. Tarix ibn Shihobdan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Biz bir farishta Ömerning tili bilan so'zlaydi deyshadiq. Salim o'z otasidan rivoyat qilib mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom Ömer radiyallohu anhuning ustida bir kiyimni ko'rib, yana bir rivoyatda bir oq ko'ylakni ko'rib, kiyiming yangimi yoki yuvilganmi dedi. Ömer radiyallohu anhu yuvilgan dedi. Payg'ambar alayhissalom yangini kiygaysan, maqtilib yashagaysan, shahid holatda o'lgaysan dedi. Anas ibn Malik radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom o'g'it tag'iga chiqdi. Uning bilan Abu Bakr, Ömer va Osmon birga edi. Tog' ular bilan titrab ketdi. Payg'ambar alayhissalom tog'ni puti bilan tepdi va: "Ey Uhud, jim turg'in. Ustonda bir payg'ambar, bir siddiq va bir shahiddan boshqa kishi yo'q" dedi. Abu Hurayra radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim. Bir kuni bir podsho o'z qo'ylari orasida edi. Uningga bir bo'ri hujum qilib, bir qo'yni elib ketdi. Podsho bo'rini qo'g'lagan edi. Bo'ri uningga qarab: "Qo'ylarga mendan boshqa podsho bo'lmaydigan yirtqich hayvonlar kunida ularga kim qaraydi?" dedi. Bir kuni bir odam bir kalaning ustiga yuk ortib ketayotdi. Kala uningga qarab so'z qilib: "Men buning uchun yaratilmadim. Teriqchilik ishlari uchun yaratildim" dedi. Kishilar "Subhanalloh" deyishdi. Payg'ambar alayhissalom: "Men va Abu Bakr va Ömer uningga ishonamiz" dedi. Abdullah ibn Ömer radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Ummatim ichida ummatimga eng kuyunadigani Abu Bakrdir. Allohning dinida eng qattiq bo'lgani Ömerdir" degan. Yana bir rivoyatda ummatim ichida ummatimga eng mehribon bo'lgani Abu Bakrdir, Allohning buyrug'ida eng qattiq bo'lgani Ömerdir degan.
Abdullah ibn Hantabid'in rivoyat qilinudiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: bu ikkisi Abu Bakr va Umarni demoqchi, quloq va ko'zdir. Huzayfa ibn Yamani radhiyallohu anhudan rivoyat qilinudiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: men oranglarda qanchalik turadiganligimni bilmayman. Mendan keyin Abu Bakr va Umardan iborat ikki kishiga ergishinglar. Payg'ambar alayhissalom uningga jannat bilan xush xabar beradi va uning jannatga sariyini ko'rsatadi. Mana bu Allohning do'sti, rostchilik isbotlangan payg'ambar alayhissalom Umar ibn Xattobga uning jannat ahlidan ekanligi bilan xush xabar beradi. Balki Allohning do'sti payg'ambar alayhissalom Umar radhiyallohu anhuning jannatga sariyini ko'rgan. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim. Abu Bakr jannatda, Umar jannatda, Osmon jannatda, Ali jannatda, Talha jannatda, Zubayr jannatda, Abdurrahman ibn Avf jannatda, Sa'id ibn Abu Waqqas jannatda, Sa'id ibn Zayd jannatda, Abu Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhumlar jannatidir. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi: payg'ambar alayhissalom sizlarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi chiqadi deganida Abu Bakr radhiyallohu anhu chiqdi. Ondan payg'ambar alayhissalom sizlarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi chiqadi deganida Umar radhiyallohu anhu chiqdi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: jannatga kirsam oltindan bo'lgan bir saroy bor ekan. Men bu kimning dedim. Ular Qurayshlik bir yigitning dedi. Men o'zimni shu yigit deb o'ylab, u kim dedim. Ular Umar ibn Xattob dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: men uxlayotgan vaqtimda o'zimni jannat ko'rdim. Bir ayol bir saroyning yanida tahorat elayotibdi. Men bu saroy kimning dedim. Ular Umar radhiyallohu anhuning dedi. Men Umarning kunlamchiligini eslab ketib qoldim. Umar radhiyallohu anhu yig'lab ketdi va ey Allohning elchisi, sendinmi kunlaymanmi dedi. Umar radhiyallohu anhuning iymonining darajasi. Abdullah ibn Hisham radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. U Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning qo'lini tutuqliq edi. Umar radhiyallohu anhu uningga: ey Allohning elchisi, sen menga jinimdan boshqa hamma narsamdan bakroq suyumli yo'q dedi. Payg'ambar alayhissalom: yo'q, jinim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, men sana jinimdanmi suyumlik bo'lmoqchi mu'min bo'lolmaysan dedi. Umar radhiyallohu anhu uningga: Alloh bilan qasamki, hozir sen menga jinimdanmi suyumliksan dedi. Payg'ambar alayhissalom: amdi bo'ldi ey Umar dedi. Uning ajoyib go'zal so'zlar jumlasidan kimning hayosi oz bo'lsa, taqvoligi oz bo'ladi. Kimning taqvoligi oz bo'lsa, qalbi o'ladi degan so'zlar bor edi. U mundoq deydi: kimki hayo qilsa, yushinadi. Kimki yushinsa, taqvo bo'ladi. Kimki taqvo bo'lsa, saqlanib qoladi. Umar radhiyallohu anhuning dinning darajasi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim. Men uxlayotgan holatimda kishilarning menga ko'rsatilganligini ko'rdim. Ularning ustida ko'nglaklar bor edi. Ko'nglaklar ichida qisqligidan ko'ksigacha yetadigan bor edi. Ularning ichidan shuning tuvinigacha yetadiganimi bor edi. Menga Umar ko'rsatildi. Uning ustida ko'nglak bor edi. Uzun bo'lganligidan u ko'ngligini so'rab yuradi. Kishilar: ey Allohning elchisi, buni nimaga ta'bir berding dedi. Payg'ambar alayhissalom: dinga dedi. Umar radhiyallohu anhuning ilmi va fiqidonligi. Zuhriydan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: menga Hamza otasidan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini xabar qildi. Men uxlagan vaqtimda tushimda sut ichdim. Hattoki sutga qonganligimning tirnaqimga chiqqanligiga qaraydim. Ondan sutni Umarga sunib berdim. Ular: ey Allohning elchisi, uni nimaga ta'bir berding dedi. Payg'ambar alayhissalom: ilmga dedi.
Abu Bakrga qaraganda Ömerning xalifalik muddatining uzun bo'lganligi va Osmonga qaraganda Ömerga bo'ysunishga kishilarning birligi kelganligi uchun Ömer radhiyallohu anhu bu fazilatga xos qilindi. Chunki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning xalifalik muddati qisqa edi. Shunga bu muddatga ixtilofning eng chong sababi bo'lgan fatihlar ko'p bo'lmagan edi. Ya'ni musulmonlar oz bo'lg'achqa ixtilofmi oz edi. Shundaq turib, Ömer radhiyallohu anhuning xalifalik davri uzun bo'lishiga qaramasdan, u kishilarni hech kim uningga qarshilik qila olmaydigan darajada boshqardi. Osman radhiyallohu anhuning xalifalik davrida fatihlar texmo ko'p bo'ldi. Shuning bilan birga har xil gap so'z va fikrlar tarqaldi. Xalq Osman radhiyallohu anhuga bo'ysunishga, Ömer radhiyallohu anhuga birlikka kelgandek birlikka kelmadi. U sababdan fitnalar tarqalib, oxiri Osman radhiyallohu anhuni o'ldirish darajasiga yetdi. Ali radhiyallohu anhu xalifa bo'lgandan keyin ixtilof texmo kuchaydi. Fitnalar texmo tarqaldi. Ömer radhiyallohu anhu ilm talab qilishga intayin hiris edi. Balki u oliy himmatli kishilardan edi. Ömer radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Mening Banu Umayya ibn Zayd jamoatidan bo'lgan ansarlardan bir qo'shnim bor edi. Ular Madinaning yiroq chetida edi. Biz payg'ambar alayhisalomning yeniga navbatlashib boratdik. Bir kun u boratdi, bir kun men boratdim. Men barsam shu kundagi vahiy va uningdan boshqa xabarlarni elib kelatdim. U barsa u shunday qiladi." Zahabi mundaq deydi: Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu mundaq degan: Ömer radhiyallohu anhu Sura Baqarani 12 yilda o'rganib bo'ldi. Sura Baqarani o'rganib bo'lganda bir tugi bo'g'izladi. Tarix ibn Shihab mundaq deydi: Bir Yahudi Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhuning yeniga kelib: "Ey mu'minlarning amiri, sizlarning kitobingizda sizlar o'qiydigan bir oyat bor. Agar bu oyat biz Yahudilar guruhiga tushib, bu oyat tushgan kunni bilsak edik, shu kunni bayram kuni qilardik" dedi. Ömer radhiyallohu anhu: "Bu qaysi oyat?" dedi. U Yahudi: "Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim" degan oyat edi dedi. Sura Maida 3-oyat. Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhu: "Men bu oyat tushgan kunni va bu oyat tushgan o'rinni bilaman. Bu oyat payg'ambar alayhisalomga juma kuni Arafatda biz payg'ambar alayhisalom bilan billa Arafatda turganda tushgan" dedi. Faruq radhiyallohu anhudan qimmatli vasiyat. Ömer radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Boshliq bo'lib qilishdan burun fiqhdan bo'lib olinglar." Hafiz Fathul Barida mundaq deydi: "Boshliqning ba'zida dinda fiqhdan bo'lishdan cheklanib qilishiga sabab bo'ladiganligini maqsad qilgan. Chunki boshliqni ba'zida cho'ngchilik va tortinchoqlik ilm o'rganuvchilarning so'rinda o'tirishdan cheklab qo'ydi. Shuning uchun Malik qozilikning aybi to'g'risida qozi vazifasidan elib tashlansa ilgari ilm o'rgangan so'ringa qaytmaydi degan. Mana bu uning fiqhdaligi, ilmi va sahobalarning uning haqidagi ko'z qarashlaridan namunalardir. Hafiz kishilarning bu hadisdan boshliqlik fiqhdan bo'lishdan cheklaydigan deb tushunib qolmasligi uchun Buxoriyning bu so'zini agashtirib keltirgan dedi. Hafiz ibn Muaviya al-Kindi rahimahullohdan rivoyat qilinadiki, u Ömer radhiyallohu anhudan 3 ish to'g'riliq so'rash uchun uloqqa minib bordi. U mundaq deydi: Haris Madinaga keldi. Ömer radhiyallohu anhu uningdan nimaga kelding deb so'radi. Haris: "Sendan 3 ish to'g'riliq so'rag'ili keldim" dedi. Ömer radhiyallohu anhu: "Ular nima ish?" dedi. Haris mundaq deydi: "Ba'zida men ayol kishi bilan tar binodagi chog'da namoz vaqti keladi. Men namoz o'qiganda u mening o'tilimda turib qoladi. Agar u keynimda namoz o'qisa, binodan chiqib ketadi." Ömer radhiyallohu anhu: "Sen bilan uning orasida bir kiyimda parda tortsan. Ondan agar xohlasang, u sening o'tilingda turib namoz o'qiydi" dedi. Haris: "Asrdan keyingi 2 rakat namoz to'g'risida so'rayman" dedi. Ömer radhiyallohu anhu: "Payg'ambar alayhisalom meni u namozni to'sqan" dedi. Haris: "Qissa hikoya so'zlash to'g'risida so'rayman. Ular mening so'zlab berishimni xohlaydi" dedi. Ömer radhiyallohu anhu: "Xohlasang" dedi. Xuddi u Harisni cheklashni yoqtirmagandek qiladi. Haris: "Sening so'zing bilan cheklanishni xohlaydim" dedi. Ömer radhiyallohu anhu: "Men sening qissa so'zlab qalbingda ulardan ustun bo'lib qilishingdir. Ondan qissa so'zlab ko'tarilib,
o'zingni ularning ustida yuqori yulduzning darajasida deb o'ylab qilishingdan ondan uningga yarasha Allah qiyomat kunida seni ularning tapanlari ostiga tushirib qo'yishidan ansirayman dedi. Qubaysa ibn Jabirdan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Alloh bilan qasamki, fuqarolarga Abu Bakr Siddiqdan bakroq kuyimchan, yaxshi kishini ko'rmadim. Ömer radiyallahu anhudan bakroq Allohning kitobini ko'p o'qiydigan, Allohning dinida fiqhidan bo'lgan, Allohning belgilamalarini bajaradigan kishilarning qalblarida hayvatlik kishini ko'rmadim. Osman ibn Affan radiyallahu anhudan hayoliq kishini ko'rmadim. Abdurrahman ibn Abdul Qariydan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Ramazonning bir kechasida Umar ibn Xattob radiyallahu anhu bilan masjidga chiqdim. Shu vaqtda kishilar tarqoq holatda namoz o'qiyotgan ekan. Bir kishi yolg'iz namoz o'qiyotdi. Bir kishi namoz o'qisa, bir to'p kishilar uningga ergishib namoz o'qiydi. Umar radiyallahu anhu: Agar men bularni bir qorining keyniga yig'sam, texmi yaxshi bo'ladi ekan deb qarayman dedi. Ondan bu haqda qaror chiqarib, ularni Ubay ibn Ka'bning keyniga yig'di. Keyin uning bilan yana bir kechasi birga chiqqan edim. Kishilar o'z qorisi bilan jamoat bo'lib namoz o'qiyotgan ekan. Umar radiyallahu anhu: Bu nima degan yaxshi bidat ha? Bu namozdan uxlaydigan kishilar bu namozga turgan kishilardan afzal dedi. U kechining oxirini demoqchi edi. Kishilar bu namozni kechining bosh tarafida o'qiydi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mundoq deydi: Umar radiyallahu anhu musibatga uchragan kuni musulmonlardan biror uy ahli g'amkin bo'lmadi deb o'ylamayman. Faqat yomon uy ahli buning sirtida. Umar radiyallahu anhu oramizdagi Allohni eng yaxshi biladigan, Allohning kitobini eng yaxshi o'qiydigan, Allohning dinida eng fiqhidan kishi edi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhudan yana mundoq deydi: Yaxshilar tilga ilinganda Umar radiyallahu anhuni keltirgan. Haqiqatan Umar radiyallahu anhu oramizda Allohning kitobini eng yaxshi biladigan, Allohning dinida fiqhidan kishi edi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yana mundoq deydi: Agar Umarning ilmi tarozining bir pallasida qo'yilsa, zamindagi tirik kishilarning ilmi yana bir pallasida qo'yilsa, Umar radiyallahu anhuning ilmi ularning ilmini besib tushadi. Amash mundoq deydi: Men bu gapni inkor qilib, An-Naxaning yeniga kelib, Ibn Mas'udning so'zini uningga dedim. U so'zidan nimani inkor qildi? Alloh bilan qasamki, u buningdan ortiq gapni qilib, Alloh bilan qasamki, Umar radiyallahu anhu vafot bo'lgan kuni ilmning 9 ketib qoldi deb o'ylayman degan edi dedi. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالية. نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetlik azizler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlıq kitabını huzuruna sununuz. السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uygurcaga tercüme qiluvchi İslam Chakarlari Gruppasi. حمام فهذا القلب نواح وابكي منيا فملء الكون أسراح. Ömer radiyallahu anhu. Allah onundan razı olsun. 3. kısım. Ömer radiyallahu anhu'nun perverdigari Allah izzi ve celle'ge muvafıklı işleri. Nime degen katta derece ve ulug' faziletki Allah bunun bilen ümmetnin faruhini hürmetligen idi. Ul bolsumu köp urullarda onun Allah'a muvafıklaşkanlığı. Allah'ın Kur'an'ını Ömer radiyallahu anhu'nun fikirge muvafık halette düşürgenlikidir. Allah onundan razı olsun. Enes radiyallahu anhu'dan rivayet kılınudur ki u mundoq deydi. Ömer radiyallahu anhu mundoq deydi. Perverdigarımga 3 ishda muvafıklaştım. Birinci, men ey Allah'ın elçisi,
maqomi Ibrohimni namozgoh qilgan bo'lsak dedim. Shuning bilan maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. Sura Baqara 125-oyat. 2. Hijab oyati. Men, ey Allohning elchisi, ayollaring hijabga buyurgan bo'lsang, ularga yaxshi odamlarmi, yomon odamlarmi so'z qiladi ekan dedim. Shuning bilan hijab oyati tushdi. 3. Payg'ambar alayhissalomning ayollari kullamchilik qilib uningga qarshi birlashdi. Men ularga, agar payg'ambar alayhissalom sizlarni qo'yibsa, Parvardigori sizlarning o'rninglarga sizlardan yaxshi ayollarni berishi mumkin dedim. Shuning bilan tuvandagi bu oyat tushdi. Agar u sizlarni qo'yibsa, Parvardigori sizlarning o'rninglarga sizlardan yaxshi Allohning va payg'ambarning amriga bo'ysunguchi, Allohga va payg'ambarga iymon etguchi, itoat qilguchi, gunohlardan tavba qilguchi, ibodat qilguchi, ro'za tutguchi, cho'qonlarni va qizlarni uningga berishi mumkin. Sura Tahrim 5-oyat. Muslimning rivoyatida u mundoq degan: Parvardigorimga 3 ishda muvofiqlashdim. 1. Maqomi Ibrohim to'g'risida. 2. Hijab to'g'risida. 3. Badr asrlari to'g'risida. Abdullah ibn Abbas radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Umar radiyallohu anhu menga mundoq so'zlab bergan edi. Badr kunida payg'ambar alayhissalom mushriklarga qaradi. Ular 1000 odam edi. Sahobalarga qaradi. Ular 319 odam edi. Payg'ambar alayhissalom qiblaga oldini qildi. Ondan 2 qo'lini ko'tarib, Parvardigoriga ullik duo qilib mundoq dedi: Ey Allah, menga qilgan va'dangni o'rinlab bergin. Sen menga va'da qilgan narsani g'albini bergin. Ey Allah, agar islom ahlidan bo'lgan bu jamoat halok bo'lsa, zamonda sen ibodat qilinmaysan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 2 qo'lini ko'tarib qiblaga oldini qilgan holda Parvardigoriga unlik duo qilaverdi. Hatto uning to'ni mo'risidan tushib ketdi. Uning yeniga Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu kelib, to'nini ilib payg'ambar alayhissalomning mo'risiga yopdi. Ondan payg'ambar alayhissalomni keynidan quchoqlab turib: Ey Allohning payg'ambari, Parvardigoringdan o'tinishing yetarli bo'ldi. Sana qilgan va'dasini urullab berdi dedi. Shuning bilan Alloh azza va jalla o'z vaqtida duo qilib Parvardigoringlardan yordam tiladinglar. Alloh sizlarga orqa tushirgan 1000 farishtalar bilan yordam berman deb duoyinglarni ijobat qildi. Sur Anfal 9-oyat degan oyatni tushirdi. Ondan Alloh unga farishtalar bilan yordam berdi. Ibn Abbas radiyallohu anhu mundoq deydi: Shu kuni musulmonlardan bir kishi oldida ketayotgan mushriklardan bo'lgan bir odamning keynidan qo'g'layotdi. Tuyuqsiz usti tarafdan qamchi bilan urgan ovozni va bir otliqning "Ey Hayzum, oldiga chiq" deganini angladi. U kishi oldidagi mushrikka qaragan edi, mushrik o'ngdisiga yiqilib tushdi. U kishi mushrikka qarasa, mushrikning burni kesilgan, yuzi xuddi qamchi bilan urgandek yerilib ketgan va butunlay ko'kirib ketgan edi. Hilqa ansoriy kishi kelib payg'ambar alayhissalomga bo'lgan ishni so'zlab bergan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Rost aytding. U farishta 3-osmonning yordamchilaridan" dedi. Musulmonlar shu kuni mushriklardan 70 ni o'ldirib, 70 ni asir oldi. Ibn Abbas radiyallohu anhu mundoq deydi: Musulmonlar asirlarni olgan vaqtda payg'ambar alayhissalom Abu Bakr va Umar radiyallohu anhuga bu asirlar to'g'risida qanday qaraysizlar dedi. Abu Bakr radiyallohu anhu: Ey Allohning payg'ambari, ular tog'alarning va urug' tuqqanlarning bolalari. Men ulardan fidya ilishingni, bu fidya kofirlarga qarshi bizga kuch bo'lishini to'g'ri ko'raman. Umidki Alloh ularni islomga hidoyat qilg'ay dedi. Payg'ambar alayhissalom: Ey Xattabning o'g'li, sen qanday qaraysan dedi. Umar radiyallohu anhu mundoq deydi: Men Alloh bilan qasamki,
Men Abu Bakr radiyallohu anhu to'g'ri ko'rganni to'g'ri ko'rmayman. Lekin men shuni to'g'ri ko'ramanki, bizga imkoniyat bersang, ularni o'ldirsak, Aliga imkoniyat bersang, aqlni o'ldirsa, menga imkoniyat bersang, falonini o'ldirsam. Chunki ular kufrining boshliqlari va katta boshlari edi. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakrning so'zini yoqtirdi. Mening so'zimni yoqtirmadi. Aytisi kelsam Payg'ambar alayhissalom va Abu Bakr radiyallohu anhu yig'lab ketibdi. Men ey Allohning payg'ambari, sen va hamrohingning nima uchun yig'layotganligini menga deb bergin. Agar yig'lay olsam, yig'layman. Yig'lay olmasam, sizlarning yig'inglar uchun yig'lashga tirishaman dedim. Payg'ambar alayhissalom hamrohlaringning fidya olganligi uchun menga ko'rsatilgan azobga yig'layman. Menga ularning azobi mushu daraxtdan yaqin holatda ko'rsatildi. U daraxt payg'ambar alayhissalomga yaqin edi, dedi. Allah azza va jalla payg'ambarga zamonda dushmanni ko'proq o'ldirmay turib, ya'ni mushrikning hayvasini yo'qitib, islomga quvvat bermay turib, asrlardan fidya, ya'ni to'lam elish loyiq emas degan oyatdan ey jihad qiluvchilar jamoasi, g'animat olgan narsanglarni halol va pok yenglar degan yergacha tushirdi. Ondan Allah g'animatni ularga halol qilib berdi. Ömer ibn Xattab radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Abdullah ibn Ubay ibn Salul o'lganda payg'ambar alayhissalom uning namozini tushirishga chaqirildi. Payg'ambar alayhissalom namoz tushirish uchun turganda uning yeniga tezlik bilan berib, ey Allohning payg'ambari, Abdullah ibn Ubayga namoz tushiramsan? U paloni kuni paloni gapni qilgan tursa deb uningga Abdullah ibn Ubayning qilgan gaplarini takrorlashga boshladim. Payg'ambar alayhissalom kulimsirab qo'yib, ey Umar, keningga yon dedi. Men uningga ko'p so'zlar bergan vaqtimda men ixtiyorlik berildim. Shunga namoz tushirishni tanladim. Agar 70 dan ko'proq istig'for etsam, uning gunohi mag'firat bo'ladiganligini bilsam edim, 70 dan oshirib yetdim dedi. U mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom uning namozini tushirib qaytib ketdi. Uzoq o'tmayla sura Baroadan oyat. Ey Muhammad, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin degan yerdan ular fosiq holati bilan o'ldi degan yerigacha nozil bo'lib tushdi. Sura Tavba 84-oyat. U mundoq deydi. Shu kuni payg'ambar alayhissalomga jur'at qila olganligimga hayron qoldim. Allah va uning payg'ambari eng yaxshi bilguchidir. Jin va insonlardan bo'lgan shaytonlar Ömer radiyallohu anhudan qochadi. Haqiqatan insonning parvardigori Allah azza va jalladan qo'rqishi boshqan siri Allah uning atrofidagi kishilarning qalbiga uningdan qo'rqishni tashlaydi. Mana bu Allah shaytonlarning qalblariga qo'rqishni tashlagan ummatning farixi radiyallohu anhudir. Shaytonlar uni ko'rgan hamon uningdan qo'rqib qochadi. Said ibn Abu Waqqas radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Ömer radiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning yeniga kirishga ruxsat so'radi. Payg'ambar alayhissalomning yanida Qurayshlik ayollar uningga so'z qilib o'tadi. Yana bir rivoyatda ular payg'ambar alayhissalomdan ko'p savol so'rab o'tadi. Ularning ovozi payg'ambar alayhissalomning ovozidan yuqori edi. Ömer radiyallohu anhu ruxsat so'raganda ular turib yuvinishga oldirdi. Payg'ambar alayhissalom Ömer radiyallohu anhuga kirishga ruxsat berdi. Ömer radiyallohu anhu kirganda payg'ambar alayhissalom kulib o'tadi. Ömer radiyallohu anhu: "Alloh seni xursand qilsin. Otam va onamning barobar desa, seni nima kuldirdi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Yenimdagi bu ayollardan hayron qoldim. Ular sening ovozingni anglabla yugunishga oldirib ketdi" dedi. Ömer radiyallohu anhu: "Ey Allohning payg'ambari, sen ularning qo'rqishiga eng loyiqsan" dedi. Ondan: "Ey o'ziga dushmanlik qiluvchi ayollar, sizlar payg'ambar alayhissalomdan qo'rqmay, mendan qo'rqamsizlar" dedi. Ular: "Sen payg'ambar alayhissalomga qaraganda qo'pol" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "So'zlab bergan ey Xattabning o'g'li, sen bilan shayton biror yo'lda mangan holatingda uchrashib qolsa, sen mangan yo'ldan boshqa yo'lga chiqib ketadi" dedi.
Yana bir rivoyatda payg'ambar alayhissalom: "Men jin va insonlardan bo'lgan shaytonlarning Umardan qochqanligiga qarab turibman" dedi. Hafiz ibn Hajar rahimahulloh mundoq deydi: "Buningdan Umar radhiyallohu anhuning gunohdan xoli ekanligi hukmi ilinmaydi. Chunki gunohsizlik payg'ambar alayhissalomga haqida zururdir. Boshqa kishilar haqida mumkindir." İmam-ı Nevevi rahimahulloh mundoq deydi: "Bu hadis tashqi ko'rinishiga asosan tushuniladi. U bo'lsa-mu shayton Umar radhiyallohu anhuning bir yo'lda mang'anligini ko'rsa, Umar radhiyallohu anhudan qo'rqib kechib ketadi va Umar radhiyallohu anhuning uni bir narsa qilib qo'yishidan qattiq qo'rqib ketganlikdan u yo'lni tashlab boshqa yo'lda mangadi." Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: "Payg'ambar alayhissalomga Xazira etib elib keldim. Ondan Savda radhiyallohu anhaga jigin dedim. Payg'ambar alayhissalom men bilan Savdaning orlig'ida edi. Savda radhiyallohu anha jigili unimidi. Men chuqum yeysan yoki bo'lmasa tomoqni yuzingga surkayman dedim. Savda radhiyallohu anha yana jigili unimidi. Shuning bilan qo'limni tomoqqa tiqib Savdaning yuziga surkidim. Payg'ambar alayhissalom Savda radhiyallohu anha uchun qo'lini qo'ydi va uningga: "Senmi uning Aisha radhiyallohu anhaning, ya'ni yuziga surkagin" dedi. Payg'ambar alayhissalom Savdaga qarab kulib turadi. Umar radhiyallohu anhu o'tib: "Ey Abdullah, ey Abdullah" dedi. Payg'ambar alayhissalom Umar radhiyallohu anhuni kirdi deb o'ylab, "Ikkinglar turib, yuzinglarni yuyinglar" dedi. Aisha radhiyallohu anha mundoq deydi: "Payg'ambar alayhissalom aymanganligi uchun men doim Umar radhiyallohu anhudan ayminib keldim." Faruq radhiyallohu anhuning Tabuk g'azotidagi zirakligi. Mana bu Faruq radhiyallohu anhuning payg'ambar alayhissalomga bo'lgan ishonchi va Allohning o'zining payg'ambariga bo'lgan ishonchisining cho'nqurligini oshkorlab beradigan ulug' bir maydondir. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: "Tabuk g'azoti bo'lganda kishilar ocharchilikqa uchradi. Ular: 'Ey Allohning payg'ambari, bizga ruxsat qilsang, suv to'shiydigan to'g'illarimizni bug'uzlab yesak va moylansak' dedi. Payg'ambar alayhissalom ularga shundoq qilinglar dedi. U mundoq deydi: Umar radhiyallohu anhu kelib: "Ey Allohning payg'ambari, unda qilsang ular ozlab ketadi. Ularni chaqirgin, oshqan uzuq tuluklarini elib kelsin. Ondan ularning uzuq tuluklarining barkatiga duo qilgin. Umidki Alloh uningga barkat bergay" dedi. Payg'ambar alayhissalom ma'qul dedi. Payg'ambar alayhissalom teridan yasalgan bir palasni elib kelishga buyurdi. Palasni selib tomoqning uvoqlarini elib kelishga buyurdi. Hattoki palasning ustiga uvoqlardan ozroq narsa to'plandi. Payg'ambar alayhissalom barakatga duo qildi. Ondan qochilaringlarga elinglar dedi. Kishilar qochilarga oldi. Hatto gazarmada bir tal qochinimi qo'ymay to'ldirib oldi. Ondan ular yeb to'ydi va ortiq tomoq eshib qoldi. Shu chog'da payg'ambar alayhissalom: "Guvohlik bermanki, Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Men Allohning elchisidirman. Banda shak qilmasdan shu so'z bilan Allohga uchrashib qolsa, jannatga kirishdan cheklanmaydi" dedi. Uning obrazining kuchlikligi va kishilar qalbidagi haybati. Faruq radhiyallohu anhuning obrazi kuchli edi. U Alloh haqida malomatchining malomatidan qo'rqmaydi. Hattoki uni ko'rgan kishi uningdan ayminib ado qilish uchun kelgan hojatini uningdan so'rashdan to'sib qo'yadi. Shuning bilan hojatini ado qila olmay qaytib ketadi. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan bir oyatni so'ramoqchi bo'lib, bir yil kutdim. Uningdan ayminib so'ray olmadim. Hattoki u haj qilg'ili chiqdi. Menmi uning bilan birga chiqdim. Hajdan qaytib bir yo'lga kelganda, u hojat ado qilish uchun Aroq darixi tarafga buraldi. Men u ishni tugatguncha saqlab turdim. Ondan uning bilan birga mang'och uningga: "Ey mu'minlarning amiri, Payg'ambar alayhissalomning ayollaridan uningga qarshi yordamlashgan ikki ayol kim?" dedim. U Hafsa va Oisha radhiyallohu anha dedi. Men Alloh bilan qasamki, sendan bu savolni bir yildan buyon so'ramoqchi bo'lib yurgan edim, lekin ayminib so'ray olmagan edim dedim.
Unda qilma. Sen meni bilidu deb o'ylagan narsa to'g'risida so'ravergin. Agar bilsam sana deb beraman, dedi. İkromadan rivoyat qilinudiki, u mundaq deydi. Qon oladigan bir tabib Ömer radiyallohu anhuning chechini qisqartib u surli kishi edi. Ömer radiyallohu anhu hasirg'on edi. Yeliqi tabib qo'rqib siyivatdi. Ömer radiyallohu anhu uningga 40 dirham buyurib berdi. Kam tepiladigan ziraklik va farosat. Ömer radiyallohu anhu kam uchraydigan farosat va ziraklikdan bahramand bo'lgan kishi edi. Bu bo'lsa Allah ümmetning faruqiga in'om qilgan bir ne'mat edi. Mana bu yo'ruqliq va go'zallikda quyoshga o'xshaydigan misollarki, u bizga ummatning Farixi radiyallohu anhuning zirakligi va farosatining qaysi darajaga berib yetganligini oshkorlab beradi. Yahya ibn Sa'id radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Umar ibn Xattob radiyallohu anhu bir odamga "Isming nima?" dedi. U odam Jamra, ya'ni cho'g' dedi. Umar radiyallohu anhu "Kimning bolasi?" dedi. U odam Shihab, ya'ni cho'g'ning bolasi dedi. Umar radiyallohu anhu qaysi jamoat deyin dedi. U odam Hariqa, ya'ni ko'ydirguchi jamoati deyin dedi. Umar radiyallohu anhu ondan qaysi jamoat deyin dedi. U odam Zirom, ya'ni tuturuq jamoati deyin dedi. Umar radiyallohu anhu uying nada dedi. U odam Harra, ya'ni sayliqda dedi. Umar radiyallohu anhu qaysi sayliqda dedi. U odam Zati laza, yalqulluqda dedi. Umar radiyallohu anhu oilangni tepib olgin, ular kuyib ketibdi dedi. Amaliyotda Umar degandek bo'lgan kuyib ketgan ekan. Zahabi tarix kitobida mundaq deydi. Bizga Shurahbil mundaq so'zlab berdi. Asvad al-Anisi Yamanda payg'ambarlik da'vosi qildi. U Abu Muslim al-Xavloniga odam avatib, Abu Muslimni cho'ng o'tning yeniga elib keldi. Abu Muslim o'tga tashlanibdi, o't uningga ziyon yetkazmadi. Asvatga deyildi: "Agar bu odamni yeningdan yo'qotmasang, sana ergashganlarni buzudi." Shuning bilan Asvat Abu Muslimni ko'chib ketishga buyurdi. Abu Muslim Madinaga kelib, to'gisini cho'ktirib, namoz o'qish uchun masjidga kirdi. Uni Umar radiyallohu anhu ko'rib, xuddi Umar radiyallohu anhuning qalbiga uning Abu Muslim ekanligi kelgandek, uning yeniga berib, "Nadin kelgan kishisan?" dedi. U Yaman deyin dedi. Umar radiyallohu anhu yolg'onchi Asvat o'tni ko'ydirgan kishi qandoq bo'ldi dedi. Abu Muslim u Abdullah ibn Sub dedi. Umar radiyallohu anhu Allah nomida sendan so'raymanki, sen shumi dedi. U albatta shundoq dedi. Umar radiyallohu anhu uni quchoqlab yig'lab ketdi. Ondan uni elib berib, o'zi bilan Siddiq radiyallohu anhu orasida o'tirg'izib, "Menga Muhammad alayhissalomning ummati ichida Allohning yaqin do'sti Ibrohim alayhissalom qilingan kishini ko'rsatmasdan meni o'ltirmagan Allohga hamd va sano bo'lsin" dedi. Uning ibodati Farix radiyallohu anhu ummat yukini zimmasiga olgan turib, Parvardigori Jalla va Ala tarafga boradigan safariga uzuq bo'ladigan ibodatdan bo'lgan nasibasini unutmagan edi. Abu Qatada rahimahullohdan rivoyat qilinudiki, Payg'ambar alayhissalom Abu Bakrga "Qachon vitr o'qiysan?" dedi. Abu Bakr radiyallohu anhu kechining avvalida vitr o'qiyman dedi. Payg'ambar alayhissalom Umar radiyallohu anhuga "Sen qachon vitr o'qiysan?" dedi. Umar radiyallohu anhu kechining oxirida dedi. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr radiyallohu anhuga "Bu ehtiyotni, yana bir rivoyatda ehtiyotchanlikni tutibdi" dedi. Umar radiyallohu anhuga "Bu quvvatni tutibdi" dedi. Aslamda rivoyat qilinudiki, Umar radiyallohu anhu Allah xohlagan miqdorda namoz o'qiydi. Hatto kechining oxiri bo'lganda oilasiga nasihat qilib, namoz deydi va bu oyatni o'qiydi. "Ey Muhammad, oilangdagilarni va ummatingni namozga buyurgin. O'zingmi uni ado qilishga chidamliq bo'lgin." Sura Taha 132-oyat. Ziyad ibn Hudayr radiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Umar ibn Xattob radiyallohu anhuning kishilar ichida ro'zini eng ko'p tutadigan va eng ko'p misvoq qiladigan kishi ekanligini ko'rdim." Ibn Umar radiyallohu anhudan rivoyat qilinudiki, u mundaq deydi: "Umar radiyallohu anhu uzul-dumar ro'za tutmoqcha vafot bo'ldi.
Yana u vafot bo'lganda uzildirmay ro'za tutib Hüseyin mundaq deydi. Osman ibn Abil As Umar ibn Xattab radiyallohu anhu olgan ayollardan birini oldi. Ondan Allah bilan qasamki, men bu ayolni mol dunyoga yoki bolaga qiziqib olmadim. Lekin uning menga Umar radiyallohu anhuning kechisi qilgan ibodatini deb berishni yaxshi ko'rdim, dedi. Hafiz ibn Kasir Umar radiyallohu anhuning kechisi to'g'risida mundaq deydi. U kishilar bilan xubdan namozini o'qitdi. Ondan uyiga kirib tong otquchi namoz o'qitdi. U Muaviya ibn Xadijga mundaq degan edi. Agar kunduzi uxlasam, fuqarolarni halok qilaman. Kechisi uxlasam, o'zimni halok qilaman. Ey Muaviya, bu ikkisi turib qandoqmi uxlag'ili bo'lsin? يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetli anlıqçılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزته تسمو به للعالية. نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli azizler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlıq kitabını huzuruna sunumuz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom Chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح. Ömer ibn Xattab radiyallahu anhu. Allah onundan razı olsun. 4. qism. Ümmetning faruhi ve yaxshi agishish. Ömer radiyallahu anhu Hajarul Aswadni siladi ve mundaq dedi. Haqiqatan men bilamanki, sen ziyonmi salolmaydigan, foydami yetkazolmaydigan bir toshsan. Agar payg'ambar alayhissalomning seni so'yganligini ko'rmasam edim, seni so'ymaydim. Nafi mundaq deydi. Kishilar payg'ambar alayhissalom ostida turib Rizvon bay'ati olgan daraxtning yeniga kelib namoz o'qitdi. Bu xabar Umar radiyallohu anhuga yetganda Umar radiyallohu anhu kishilarni bu haqda qo'rqitdi va buyruq qilib u daraxtni kestirib o'tdi. Ma'rudan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi. Umar ibn Xattab radiyallohu anhu bilan bir hajga birga chiqdik. U bizga bomdodda Parvardigorining fil egalarini qandoq qilganligini ko'rmadingmi degan so'rini va Quraysh qo'g'dalganliklari uchun degan so'rini o'qib berdi. Namozdan qaytganda kishilarning bir masjidga kirishga oldirayotganligini ko'rib, bu nima ish dedi. Kishilar, bu payg'ambar alayhissalom namoz o'qigan masjid dedi. Umar radiyallohu anhu, sizlardan ilgirkilar mushundoq halok bo'lgan edi. Ular payg'ambarlarning izlarini ibodat o'rni qilib olgan edi. Kimga namoz o'qish to'g'ri kelib qolsa, namoz o'qisin. Kimga namoz to'g'ri kelib qolmasa, mengayversin dedi. Ömer ibn Maymun otasidan rivoyat qilib mundaq deydi. Ömer ibn Xattab radiyallohu anhuning yeniga bir odam kelib, biz Madainni fath qilganda bir kitob topdim. Uningda hayron qolarliq so'zlar bor ekan dedi. Ömer radiyallohu anhu, u so'zlar Allohning kitobidan ilinganmikan dedi. U odam, yo'q dedi. Ömer radiyallohu anhu darra qomchini akaldirib, u odamni darra bilan urishga boshladi. Ondan Alif Lam Ra, bu ro'shan kitobning oyatlaridir. Shubhasizki sizlarni tushunsin deb uni arabcha Qur'on qilib nozil qildik degan yerdan buningdan burun bu qissadan haqiqatan bexabar eding degan yergacha o'qishga boshladi. Ondan sizlardan ilgirki kishilar o'zlarining olimlari va episkoplarining kitoblariga yuzlanib ketib, Tavrot, Injilni tashlab qo'yganligi uchun halok bo'lgan. Hattoki Tavrot, Injil o'chib, u kitoblardagi ilm yo'qolib ketgan edi, dedi. Mard, sehiy kishi, Alloh uningdan rozi bo'lsin. Parvardigori Jalla va Alaning va'dasiga ishongan mu'min, rizq faqat Alloh azza va jallaning qo'lida ekanligini biladi. Balki shuningga jazm qiladi.
Shuning uchun mu'min kishining o'z melini qarindishiga berishdan bexillik qilganligini ko'rmaysan. Chunki u yana shuni biladiki, uning Alloh yo'lida qilgan chiqimining o'rnini Alloh to'ldirib beradi. Mana bu ummatning Faruqi radhiyallohu anhu bizga mardlik va saxiylikda misol bayon qilib beradi. Zayd ibn Aslam o'z otasining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini anglagan edim. Payg'ambar alayhissalom bizni sadiq qilishga buyurdi. Bu mening melim bor vaqtda to'g'ri keldi. Men bir kuni yaxshilikda Abu Bakr radhiyallohu anhu dan o'tib ketsam, bugun o'tib ketaman dedim. U mundoq dedi. Shuning bilan melimning yerimini elib keldim. Payg'ambar alayhissalom, "Oilang uchun nima qoldirding?" dedi. Men mushiningdek molni dedim. Abu Bakr radhiyallohu anhu mol mulkining hammasini elib keldi. Payg'ambar alayhissalom, "Ey Abu Bakr, oilang uchun nima qoldirding?" dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu, "Ular uchun Alloh va uning payg'ambarini qoldirdim" dedi. Men, "Hech ishda hargiz uningdan o'tib ketolmaydiganman" dedim. Umar radhiyallohu anhuning "Hech ishda uningdan o'tib ketolmaydiganman" degan so'zning ma'nosi, ya'ni fazilatda demakchi. Chunki uning meli ko'p. Abu Bakr radhiyallohu anhuning meli oz vaqtda uningdan o'tib ketolmagan yerda boshqa holatda o'tib ketolmaslikka eng yaqindir. Amash mundoq deydi. Bir kuni Umar radhiyallohu anhuning yanida edim. Uningga 22 ming dirham pul keltirildi. U o'rnidan qo'zg'almay turibla bu pullarni tarqitib etdi. Uning melidan uning bir narsa yiqib qolsa, uni sadiqa qilib etdi. U ko'pincha shikar sadiqa qiladi. Uningga nimishqa bunday qiladiganligini aytilganda, u "Men shikarni yaxshi ko'raman. Alloh taolo yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha hargiz yaxshilikka erisha olmaysizlar" degan tursa degan edi. Mujohid mundoq deydi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abu Musaga Jalula o'ljilaridan bir dedak setib olish to'g'riliq xat yozdi. Abu Musa uning deganidek qildi. Umar radhiyallohu anhu u dedakni chaqirib ozod qilib etdi. Ondan bu oyatni o'qidi. Yaxshi ko'rgan narsalaringlardan sarf qilmoqchi hargiz yaxshilikka erisha olmaysizlar. Sula. Oho. Yaxshi ko'rgan narsalaringlardan sarf qilmoqchi hargiz yaxshilikka erisha olmaysizlar. Sura Ali Imron 92-oyat. Umar radhiyallohu anhuning ozod gardisi Aslam mundoq deydi. Mendan Ibn Umar radhiyallohu anhuning ba'zi ishlari to'g'riliq so'radi. Uningga aytib bergan edim. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qabzi ruh bo'lgandan tortib, payg'ambar alayhisalomdan qolsa Umar radhiyallohu anhudan bakroq tirishchanlik va saxiylikda chekiga yetgan kishini ko'rmadim dedi. Hafiz Fathul Barida mundoq deydi. Yana Umar radhiyallohu anhudanmi ishlarda tirishchan, saxiy kishi yo'q edi. Bu ma'lum vaqtga xos deb tushuniladi. U bo'lsa-mu uning xalifalik qilgan muddatidir. Chunki payg'ambar alayhisalom va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu buningdan ayirib olinadi. Faruq radhiyallohu anhuning payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lgan chog'dagi maydoni Anasdan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Payg'ambar alayhisalomning kesili eg'irlashgan vaqtda u hushidan ketishga boshladi. Fatima radhiyallohu anha, "Voy, otamga kelgan qiyinchilik" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Bugundan keyin otangga qiyinchilik yo'q" dedi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lganda Fatima radhiyallohu anha, "Voy, chaqirgan Parvardigorga ovoz qo'shgan otam. Voy, Firdavs jannatidan o'rin olgan otam. Voy otam, Jibrilga o'lim xabarini yetkazadigan bo'ldi" dedi. Payg'ambar alayhisalom dafn qilinganda Fatima radhiyallohu anha, "Allohning payg'ambari sallallohu alayhi va sallamning ustiga to'pa qo'yishga rozi bo'ldinglarmi" dedi. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Payg'ambar alayhisalom Madinaga kirgan kuni Madinadagi hamma narsa yurib ketgan edi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgan kuni Madinadagi hamma narsa qorong'u bo'lib ketdi. Biz payg'ambar alayhisalomni dafn qilishdan qo'limizni qoqmay turib, qalblarimizni yomon ko'rdik. Hafiz Ibn Rajab rahimahulloh mundoq deydi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lganda musulmonlar ikkilanib qoldi. Ularning ichida huduqib, tingirqab qolganlar bo'ldi. Ularning ichida o'ltirib qolib, o'rnidan tura olmaganlar bo'ldi. Ularning ichida tili tutilib so'zlay olmaganlar bo'ldi. Ularning ichida payg'ambar alayhisalomning o'limini butunlay inkor qilib, uningga vahiy keldi deganlarimi bo'ldi. Umar radhiyallohu anhuning tutgan maydoni shu bo'ldiki,
u o'rnidan turib unlik ovozda munofiqlardan bo'lgan kishilar payg'ambar alayhissalomni o'ldi deb bijdirlayotdi. Amaliyotda payg'ambar alayhissalom o'lmadi, lekin u xuddi Musa ibn Imron qavmi orasidan ketib 40 kecha yo'qolib ketib, u o'ldi deyilgandan keyin ularning yeniga qaytib kelganidek, u Parvardigorning huzuriga ketdi. Alloh bilan qasamki, payg'ambar alayhissalom qaytib kelib, uni o'ldi deb bijdirlaganlarning qo'llarini va putlarini chuqum kesidi dedi. Abu Bakr radiyallohu anhu sunniydagi turalg'usidan etig'i minib keldi. Hatto u o'tidan tushib masjidga kirib, Aisha radiyallohu anhaning yoniga kirguncha hech kimga gap qilmadi. Yo'lliq to'ni bilan yugab qo'yilgan payg'ambar alayhissalomga burilib yuzini ochdi. Ondan uning ustiga yiqildi, uni so'ydi va yig'ladi. Ondan otamning va onamning barobar desam, Alloh bilan qasamki, Alloh ikki o'limni birlashtirmaydi. Sana berilgan birinchi o'limdan sen vafot bo'lding dedi. Onda Abu Bakr radiyallohu anhu sirtga chiqdi. Umar radiyallohu anhu kishilarga so'zlayotdi. Abu Bakr radiyallohu anhu, "Ey Umar, o'ltirg'a" dedi. Umar radiyallohu anhu o'ltirg'ada unimadi. Kishilar Abu Bakr radiyallohu anhuga oldini qilib, Umar radiyallohu anhu ni tashlab qo'ydi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu, maqsadga kelsak, sizlardan kimki Muhammad alayhissalomga ibodat qilgan bo'lsa, Muhammad alayhissalom vafot bo'ldi. Kimki Allohga ibodat qilgan bo'lsa, Alloh hayotdirki, u o'lmaydi. Alloh taolo mundoq dedi: Muhammad bir payg'ambardirki, uningdan ilgari ko'p payg'ambar o'tgan. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari kishilar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar. Yani imandan yenib murtad bo'lamsizlar. Kimki orqasiga yenib oladi ekan, yana murtad bo'ladi ekan, u Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Alloh shukr qilg'ichilarni mukofotlaydi. Ibn Abbas radiyallohu anhu mundoq deydi: Alloh bilan qasamki, xuddi Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu bu oyatni tilovat qilganga qadar Allohning bu oyatni tushirganini bilmagandek, kishilarning hammasi bu oyatni Abu Bakr radiyallohu anhuning eg'izidan topshirib olgandek qiladi. Har bir kishining bu oyatni tilovat qilayotganligini anglaydi. Ibn Musayyib mundoq deydi: Umar radiyallohu anhu mundoq degan. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhuning bu oyatni tilovat qilganligini anglabla o'rnimdan turib qoldim. Hatto putlarim meni ko'tarolmay o'tadi. Abu Bakr radiyallohu anhuning bu oyatni tilovat qilganligini anglab yerga yiqilib tushdim. Bildimki, payg'ambar alayhissalom haqiqatan vafot bo'lgan edi. Uning Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhuga bay'at berishi Anas ibn Malik radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u Umar radiyallohu anhuning munbar ustida o'ltirgan vaqtda o'qigan ikkinchi xutbasini anglagan edim. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgan kunning ertasi edi. Umar radiyallohu anhu shahodat kalimasi aytdi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu so'zlay olmay jim turibdi. Umar radiyallohu anhu mundoq dedi: Men payg'ambar alayhissalomning bizni kaynida qoldirishni umid qilardim. U payg'ambar alayhissalomning ularning orqasida bo'lishini demoqchi edi. Agar Muhammad alayhissalom vafot bo'lgan bo'lsa, Alloh oranglarda bir nurni qildiki, sizlar uning bilan Alloh Muhammad alayhissalomni hidoyat qilgan narsani topa olasizlar. Haqiqatan Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning hamrohi, g'ordagi ikki kishining ikkinchisi. U kishilar ichida sizlarning ishinglarni boshqarishga eng loyiq kishi. Turinglar, uningga bay'at qilinglar. Ularning bir qismi ilgari Bani Saida hovlisida uningga bay'at bergan edi. Kishilarning umumiy bay'ati munbar ustida bo'ldi. Zuhri Anas ibn Malik radiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Shu kuni Umar Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhuga munbarga chiqqin deganligini angladim. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu munbarga chiqmoqcha Umar radiyallohu anhu uningdan ayrilmadi. Ondan hamma kishilar uningga bay'at berdi. Qozilik va xalifalik. Faruq radiyallohu anhu ilmda, fiqhida va hikmatda yuqori darajaga yetgan edi. Bu daraja uni Siddiq radiyallohu anhuning davrida qozi bo'lishga va uningdan keyin mu'minlarga amir, boshliq bo'lishga loyiq qilgan edi. İbrahim an-Naxiydan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu musulmonlar ishidan bir ishga mas'ul qilingan tunji kishi Umar ibn Xattob radiyallohu anhudir.
Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu uni qozi qilgan edi. U ya'ni Umar radiyallohu anhu islomdagi tunji qozi edi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu hayotining oxirgi mezgillarida xalifalikni o'zidan keyin Umar ibn Xattob radiyallohu anhuga qoldirgan edi. Ibn Jazvi Muntasimda mundoq deydi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu o'zidan keyin xalifalikni Umar radiyallohu anhuga qoldirishni iroda qilgan vaqtda Abdurrahman ibn Avf radiyallohu anhuni chaqirdi. Menga Umar ibn Xattob radiyallohu anhu to'g'riliq so'zlab bergan dedi. Abdurrahman radiyallohu anhu: Allah bilan qasamki, u sening o'ylig'iningdan afzal kishidir. Lekin uningda qo'pollik bor dedi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu: chunki u meni yumshoq deb qaraydi. Agar ishni, ya'ni xalifalikni uningga topshirsa, hozirgi ishlardan nurg'una tark etadi dedi. Ondan Osman ibn Affan radiyallohu anhuni chaqirdi. Menga Umar radiyallohu anhu to'g'riliq so'zlab bergan dedi. Osman radiyallohu anhu: sen uni bizdan yaxshi bilasan dedi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu: shundoq bo'lsa-mi so'zlab bergan dedi. Osman radiyallohu anhu: haqiqatan mening Umar radiyallohu anhu haqida biladiganim shuki, uning qalbi sirtidan yaxshi. Bizning oramizda uningga o'xshash kishi yo'q dedi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu: Allah sana rahmat qilsin. Agar uni tark etgan bo'lsam, sendan voz kechmaydim dedi. Ondan uningga yozg'in, nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bu Abu Bakr ibn Abu Quhafa dunyodan ketadigan oxirgi mezgilida va kofirmi ishonadigan, fojirmi jazmiyat qiladigan va yolg'onchimi tasdiqlaydigan oxiratga boradigan dastlabki mezgilda qilingan vasiyatdir. Men sizlarga xalifa qildim dedi-da hushidan ketdi. Osman radiyallohu anhu sizlarga Umar ibn Xattobni xalifa qildim deb yozdi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu hushiga kelgan vaqtda menga xatni o'qib bergan dedi. Osman radiyallohu anhu o'qib bergan edi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu: Allohu akbar dedi va men seni xo'shliqimda jinim chiqib ketsa, kishilarning ixtiloflashishidan ansirabdi deb o'ylayman dedi. Osman radiyallohu anhu: ha dedi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu: Allah sana islom va musulmonlar nomidan yaxshi mukofot bersin dedi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu uni ma'qulladi va Osman radiyallohu anhuni buyurdi. Osman xatni kishilarga elib chiqdi. Kishilar xatdagi kishiga bay'at qildi. Ular u kishining Umar radiyallohu anhu ekanligini biladi. Abu Bakr radiyallohu anhuning yeniga bir turkum kishilar kirib: sen Umar radiyallohu anhuning qo'polligini ko'rib turib, uni xalifa qilganliging to'g'riliq Parvardigoring sendan so'rasa, Parvardigoringga nima deysan dedi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu: meni o'ldirg'izinglar. Meni Allohdan qo'rqitib atamsizlar. Men Allohga ular sening xos kishilaringning yaxshisini xalifa qildim deyman dedi. Ondan Umar radiyallohu anhuni chaqirdi va uningga vasiyat qildi. Ali ibn Abu Talib radiyallohu anhu mundoq dedi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu vafot bo'ladigan vaqtida Umar radiyallohu anhuni xalifa bo'lishga iqtidorli deb qaradi. Agar bir kishiga yon besish bo'lgan bo'lsa, xalifaga o'zining bolasini tanlagan bo'ladi. U bu haqda musulmonlarga maslahat soldi. Ularning ichida rozi bo'lganlar bo'ldi. Ularning ichida buni yoqtirmay, sen hayot turib oldiga o'tib yuradigan kishini bizga boshliq qilamsan. Parvardigorning oldiga borganda uningga nima deysan deganlarmi bo'ldi. U mundoq dedi: Parvardigorimning huzuriga borganda uningga ularga sening xos kishilaringning yaxshisini bosh qildim deyman. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu bizga Umar radiyallohu anhuni bosh xalifa qildi. Umar radiyallohu anhu oramizda ikki hamrohi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhuning ishini bijirdi. Allah uning bilan zaminlarni fatih qildi va uning bilan shaharlarni qurdi. Uni Allah Taala haqida malomatchining malomatida tutmaydi. Yaqin yiroq odillikda va haqda barobar edi. Allah uning tili va qalbida haqni barobar qildi. Hattoki biz uning tilida tamkinlik so'zlaydi. Uning ikki ko'zi orasida uni to'g'rilab turadigan farishtalar bor deb qaraydi. Ummatning faruqi va qozilik Ibn Abdul Bar mundoq rivoyat qildi. Urva va Mujohid mundoq rivoyat qilgan. Bani Mahzum qabilasidan bir odam
Abu Sufyan ibn Harri radiyallohu anhuga qarshi Umar radiyallohu anhudan yordam so'radi. Abu Sufyan radiyallohu anhu u odamga paloni yerdagi chegara haqida zulm qilgan edi. Umar radiyallohu anhu: "Men kishilar ichida u yerni eng yaxshi bilaman. Balkim biz yosh vaqtimizda biz u yerda o'ynagan bo'lishimiz mumkin." Abu Sufyan radiyallohu anhuni yanimga elib kelgan dedi. U odam Abu Sufyanni Umar radiyallohu anhuning yoniga elib keldi. Umar radiyallohu anhu uningga: "Ey Abu Sufyan, biz bilan paloni yerga borg'in" dedi. Ular bordi. Umar radiyallohu anhu qarab turib: "Ey Abu Sufyan, bu toshni bu yerdan elib, bu yerda qo'yg'in" dedi. Abu Sufyan radiyallohu anhu: "Alloh bilan qasamki, unda qila olmayman" dedi. Umar radiyallohu anhu uningga: "Alloh bilan qasamki, chuqum qilasan" dedi. Abu Sufyan radiyallohu anhu: "Alloh bilan qasamki, qila olmayman" dedi. Umar radiyallohu anhu uni darriga bosdi va "Onang tugab ketgur, toshni elib bu yerga qo'y. Men sening burundan zulm qilib kelganligingni bilatdim" dedi. Abu Sufyan radiyallohu anhu toshni elib Umar radiyallohu anhu degan yerga qo'ydi. Umar radiyallohu anhu qiblaga oldini qilib turib: "Ey Alloh, sana hamdu sanolar xosdir. Men Abu Sufyanning ko'z qarishi ustidan g'olib kelmagicha va islom orqali uni o'zimga bo'ysundirmagicha meni o'ltirmading" dedi. Ondan Abu Sufyan radiyallohu anhu qiblaga oldini qilib: "Ey Alloh, sana hamdu sanolar xosdir. Sen mening qalbimga Umar radiyallohu anhuga bo'ysungadek taslimdan salmay turib meni o'ltirmading" dedi. Musulmonlarning hokimlariga sovg'a. Mana bu ummatning Farixi radiyallohu anhuning nutqlaridan bir dasturki, Farix buningdan insoniyat orzu qiladigan inson huquqlarining hammasini yezib bergan edi. Musulmonlarning ishlaridan cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, biror ishga mas'ul bo'lgan kishilarga ularning Alloh tarafga boradigan yo'lini yo'ritib beradigan bu qurlarni sovg'a qilamiz. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhuning muloyimligi shu darajaga yetgan ediki, kichik bolalar uni ko'rsa, uning yoniga yugurib kelib, "Ey ota" dedi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu ularning boshlarini silaydi. Umar radiyallohu anhuning hayvati shu darajaga yetgan ediki, kishilar Umar radiyallohu anhudan ayminib, g'o'ylalardagi so'rilarni tashlab tarqalib ketadi. Ular Umar radiyallohu anhuning ishining qandoq bo'ladiganligiga qarab beqish uchun shunday qiladi. Bu ahvol Umar radiyallohu anhuga yetganda u kishilarga namozga yig'ilinglar deb to'ladi. Kishilar keldi. Umar radiyallohu anhu munbar ustida Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu ikki putini qo'ydigan yerda o'ltirdi. Kishilar yig'ilib bo'lganda o'ri turib Allohga loyiq ravishda hamdu sano madiha o'qidi va payg'ambar alayhissalomga durud aytdi. Ondan keyin mundoq dedi: "Menga shu xabar yetdiki, kishilar mening bu qattiq qo'lliqimdan qo'rqibdi va qo'polliqimdan ansirabdi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oramizdagi vaqtimi Umar radiyallohu anhu bizga qo'pollik qiladi. Ondan bizga Umar emas Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu vali xalifa bo'lgan vaqtimi u bizga qo'pollik qildi. Ishlar uningga o'tganda qandoq bo'lib ketar deyishibdi. Shundoq deganlar rost aytibdi" dedi. "Men payg'ambar alayhissalom bilan billa edim. Men uning xizmatchisi edim. U muloyimlik va mehribonlikda hech kim uningga yetisholmaydigan sifatga ega edi. U xuddi Alloh aytgandek mu'minlarga kuyimchan va mehribon edi. U meni g'ilobga solg'icha yoki meni olg'a ilgirligini qo'yg'icha men uning oldida sug'urilib qilich bo'lib turdim. Men payg'ambar alayhissalom bilan hamisha shu holatda bo'ldim. Hattoki Alloh uni vafot qildirdi. U mendan rozi edi. Buning uchun Allohga ko'p hamd va sanolar bo'lsin. Men bu sababli nihoyat baxtliman." Ondan keyin musulmonlarning ishiga Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu mas'ul bo'ldi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu kishilar uning kengchiligini, mardligini va muloyimligini inkor qila olmaydigan kishi edi. Men qattiqligimni uning yumshoqligiga aralashtirib, uning xizmatchisi va yordamchisi bo'ldim. U meni g'ilobga solg'icha yoki meni olg'a ilgirligini qo'yg'icha uning oldida sug'urilgan qilish bo'lib turdim. Men uning bilan hamisha shu holatda bo'ldim. Hattoki u mendan rozi holatda Alloh uni qabzi ruh qildi. Uning uchun Allohga ko'p hamd va sanolar bo'lsin. Men bu sababli nihoyat baxtliman. Ondan keyin: "Ey xaloyiqlar, men sizlarning ishinglarga mas'ul bo'ldim. Bilinglarga ana shu qattiqlik ojizlashdi. Lekin qattiqlik zulm qilgan
ve musulmonlarga tajovuz qilgan kishilarga bo'ladi. Ammo tinch amonlikdan va o'tir halliq yo'lini tutganlarga men ularning bir-biridan bakroq muloyimman. Men hech kimga zulm qilg'ili yoki tajovuz qilg'ili qo'ymayman. Hattoki u zolim tajovuzchi haqqa bo'ysunganga qadar uning bir mangzini yerga bosaman. Yana bir mangzining ustida putimni qo'yaman. Men qo'pol bo'lsammi, iffatlik, o'zini zulm va tajovuzchilikni tartqanlarga mangzimni yerga qo'yib beraman. Ey xaloyiqlar, mening zimmamda sizlarga qilib beradigan ishlar bor. Shu sabablik meni jazolasanglar bo'ladi. Sizlar uchun mening zimmamda shu borki, sizlarning g'alla paroqlaringlardan va Alloh sizlarga g'animat qilib bergan narsalardan hech narsani o'rinsiz yig'mayman. Sizlar uchun mening zimmamda shu borki, qo'limga bir kishi tushsa, faqat o'z haqqi bilan chiqalaydi. Sizlar uchun mening zimmamda shu borki, Alloh sizlarga beradigan narsalarni va rizqinglarni texmi ko'paytiraman va chegaralaringlarni qo'g'dayman. Sizlar uchun mening zimmamda shu borki, sizlarni halokatga tashlamayman va sizlarni chegaralaringlarga yig'ib olmayman. Jangga chiqib ketsanglar, oilanglarga qaytib kelguncha men oilanglardagilarning otasi. Men ey Allohning bandalari, Allohdan qo'rqinglar. O'zinglarni zulmdan tortish orqali o'zinglar haqida menga yordam beringlar. Meni yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish va Alloh sizlarning ishlaringlardan meni mas'ul qilgan narsa haqida menga nasihat elib kelish orqali o'zim haqidami menga yordam beringlar. Men mushu so'zimni aytaman. Allohdan men va sizlar uchun kechirim so'rayman. Abi Firasdan rivoyat qilinadiki, ummondoq deydi. Ömer ibn Xattob radiyallohu anhu xutba o'qib mundoq dedi: Ey xaloyiqlar, oramizda payg'ambar alayhissalom bar vaqtda vahiy tushayotgan. Alloh bizga xabarlarni so'zlab berayotgan vaqtda biz sizlarni tunitdik. Bilinglarki, payg'ambar alayhissalom dunyodan ketdi. Vahiy uzildi. Endi sizlarni biz tuvandagi so'zimiz bilan tunuymiz. Sizlardan kimki yaxshilikni oshkorlasa, biz uningga yaxshilikni gumon qilamiz va uni yaxshi ko'ramiz. Sizlardan kimki bizga yomonlikni oshkorlasa, biz uningga yomon gumon qilamiz va uni yomon ko'ramiz. Sizlarning sirlaringlar sizlar bilan Parvardigoringlarning orasidadir. Menga shundoq bir zamon kelgan ediki, men Qur'on o'qigan kishi Alloh va Allohning huzuridagi mukofotini iroda qiladi deb o'ylaydim. Oxirda menga shundoq xiyol qilindiki, ba'zi Qur'on o'qigan kishilar uning bilan kishilarning yenidagi narsani, dunyoni iroda qiladi ekan. Sizlar Qur'on o'qishinglar bilan Allohni iroda qilinglar. Qilgan amalinglar bilan Allohni iroda qilinglar. Bilinglarki, Alloh bilan qasam, men amaldorlarimni sizlarga, sizlarning tiyirlaringlarga urush uchun va mol mulkinglarni elib olish uchun avatmayman. Kimga shuningdan boshqa bir narsa qilinsa, uni yenimga elib kelsin. Jenim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, shu hamon uningdan qisosini elib berman. Amir ibn As radiyallohu anhu oldirab turib: Ey mu'minlarning amiri, agar musulmonlar ichidan fuqarolarga mas'ul bir odam fuqarolarni adablasimi, uningdan qisos elib beramsan dedi. Umar radiyallohu anhu: Ha, Umar radiyallohu anhuning jeni qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, shu hamon uningdan qisos elib berman. Men payg'ambar alayhissalomning o'zidan qisos olganligini ko'rgan edim. Bilinglarki, musulmonlarni urmanglar. Bo'lmasa ularni xor qilib qo'yisizlar. Ularni chegaralarga yig'ib olmanglar. Bo'lmasa ularni fitnaga tashlab qo'yisizlar. Ularni huquqlaridan cheklab qo'ymanglar. Bo'lmasa ularni kafir qilib qo'yisizlar. Ularni o'rmonlikqa tushirmanglar. Bo'lmasa ularni yo'qotib qo'yisizlar. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlıqçılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالية. نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetlik azizler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlıq kitabının huzuruna sunumuz. السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح.
Ömer ibn Xattob radiyallohu anhu 5. qism. Faruq radiyallohu anhuning taqvoligi va Allohdan qo'rqishdan go'zallikda chaqnab turadigan batlar. Faruq radiyallohu anhu taqvolik va Allah Jalla va Aladan qo'rqishdan go'zallikda va ulug'liqda chaqnab turadigan nurli batlarni tarix peshonasiga yozdi. Ani shu qalam suhbatlashdan hatto uningga izohat berishdan ojiz keladigan manzillar huzuringizda. Osman ibn Affan radiyallohu anhu nihoyatda issiq bir kuni Madinaning chetidagi mollari orasida edi. 2 dona yosh tugini haydab kelayotgan bir odamni ko'rdi. Havoning issiqligidan yerga ko'rpa solgandek bo'lib qolgan edi. Osman radiyallohu anhu: "Bu odam havo suvug'icha Madinada turib tushdan keyin mangsi bo'lyapti" dedi. Ondan u odam yaqinlab kelibdi. Osman radiyallohu anhu ozodgardasiga: "Bu kim ekan qarab boqing" dedi. Ozodgardasi qarab, to'ni bilan o'ralib olgan 2 dona yosh tugini haydab ketayotgan bir odamni ko'ryapman dedi. U odam yanımı yaqinlab kelibdi. U: "Qara" dedi. Qarasa Ömer ibn Xattob radiyallohu anhu ekan. U mu'minlarning amiri ekan dedi. Osman radiyallohu anhu o'rnidan turib, beshini eshikdan chiqargan edi. Issiq shamolning furqi keldi. Osman radiyallohu anhu beshini tortib oldi. Hatto Ömer radiyallohu anhu uning udul kelganda: "Bu vaqtda seni nima elib chiqdi" dedi. Ömer radiyallohu anhu: "Sadiqa tugulurdan 2 yosh tuga orqada qapti. Sadiqa tugullarni elib ketib bo'ldi. Bu 2 tugini yayloqqa qo'shib etmoqchi. Bu 2 tuga yo'qab ketib, Alloh mendan bu haqda so'rashidan qo'rqaman" dedi. Osman radiyallohu anhu: "Ey mu'minlarning amiri, kelib suv va soyidan bahrlangin. Biz seni qondirayli" dedi. Ömer radiyallohu anhu: "Ey Osman, sayanga qaytqin" dedi. Osman radiyallohu anhu: "Kimki kuchli, ishonchli kishiga qarashni yaxshi ko'rsa, mushu kishiga qarasin" dedi. Ondan yenimizga qaytib kelib o'zini tashladi. Abdullah ibn Ömer radiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: "Men tugi sotib olib yayloqqa haydab apardim. Tugi samriganda elib keldim. Ömer radiyallohu anhu bozorga kirib yenimizdagi tugilarni ko'rdi. Ondan bu kimning dedi. Abdullah ibn Ömer radiyallohu anhuning deyilgan edi. U: "Ey Abdullah, belli. Ey mu'minlarning amrining o'g'li" deyishga boshladi. Men uning yeniga yugurib kelib: "Ey mu'minlarning amri, sana nima bo'ldi" dedim. U: "Bu nima tugilar" dedi. Men: "Bu tugilarni uruq holatda setib olgan edim va musulmonlar talab qilgan yayloqqa avatgan edim" dedim. Ömer radiyallohu anhu mundoq dedi: "Mu'minlarning amrining o'g'lining tugisini beqinglar. Mu'minlarning amrining o'g'lining tugisini sug'uringlar. Ey Abdullah ibn Ömer, melingning sarmoyasini elib qilib foydasini musulmonlarning meli bor yerga, ya'ni davlat xazinasiga olib o'tgan." İbn Abbas radiyallohu anhu mundoq deydi: "Meni Ömer ibn Xattob radiyallohu anhu chaqirdi. Uning yeniga borsam, palos ustida oltinlar to'kilib turibdi. Ömer radiyallohu anhu: "Buni qavming orasida taqsimot qilib bergin. Alloh eng yaxshi bilguchi. Alloh uni o'z payg'ambari Muhammad alayhissalomga, Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhuga bermadi. Menga bu berildi. Menga bu bir yaxshilik uchun berildi yoki yomonlik uchun berildi" dedi. İbn Abbas radiyallohu anhu mundoq deydi: "Men buni butun diqqatim bilan berilib, uni taqsimlashga va tarqitishga boshladim. Ondan yig'ilgan ovozni angladim. U yig'layotgan Ömer radiyallohu anhuning ovozi ekan. U yig'layotib: "Jinim qulida bo'lgan zot bilan qasamki, Alloh payg'ambar alayhissalomga va Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhuga yomonlikni iroda qilib, uni ulardan to'xtatib qo'ymadi. Ömer radiyallohu anhuga yaxshilikni iroda qilib, uningga berdi" dedi. Mujohiddan mundoq rivoyat qilinadi:
Ömer radiyallohu anhu qilgan bir hajda Madinadan Makkaga va Makkadan Madinaga berish uchun 80 dirham sarf qildi. U mundoq deydi. Ondan Ömer radiyallohu anhu qayg'urib, qo'llarini bir-biriga urishga boshladi va biz Allohning melida isrofxo'rlik qilishga yoritilmadik dedi. Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a mundoq deydi. Men Ömer radiyallohu anhuning yerdan bir tal samonni elib, Kaşki men mushu saman bulup kessemçu. Kaşki men hech narsa bo'lmagan bo'lsamchu. Kaşki anam meni tug'magan bo'lsa-chu deganligini ko'rdim. Qatadadan mundoq rivoyat qilinadi. Ömer radiyallohu anhu Shamga qadam tashrif qilganda, uning uchun tamoq qilindi. Ömer radiyallohu anhu ilgari undoq tamoq ko'rib boqmagan edi. Tamoq uningga elib kelinganda, u bizning tamoqimiz. Arpa neniga to'ymasdan kechini o'tkazadigan kambag'al musulmonlarga-chu dedi. Xolid ibn Valid radiyallohu anhu ularga jannat bor dedi. Ömer radiyallohu anhuning ko'zlari yoshga to'ldi. Andi agar bizning nisibimiz bu bo'lsa, ular jannatni elib ketsa, undaqda ular bizdan to'limi yiroqlab ketibdi dedi. Salim ibn Abdullahdan rivoyat qilinadiki, Ömer ibn Xattob radiyallohu anhu qo'lini tugining jarohatiga kirgizatdi va men haqiqatan sening ahvoling to'g'riliq so'ralishdan qo'rqaman dedi. Ömer radiyallohu anhu ba'zida o'tqa qo'lini yiqin akilib, ey Xattobning o'g'li, senda buningga sabr bormi dedi. Bara ibn Ma'rudin mundoq rivoyat qilinadi. Ömer ibn Xattob radiyallohu anhu bir kuni chiqib munbar yeniga keldi. U og'rib qolgan edi. Uningga hasalning shifoliq ekanligi sifatlab berildi. Davlat xazinasida bir tal moy oladigan qochi bor edi. U mundoq dedi: "Agar menga ruxsat qilsanglar, uni olaman. Bo'lmasa u menga harom." Ibn Jazvi Ömer radiyallohu anhuning fazilatlari to'g'risida mundoq deydi. Mu'minlarning amri Ali ibn Abu Talib radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Ömer ibn Xattob radiyallohu anhuni chepib ketayotgan uloq ustida ko'rib, "Ey mu'minlarning amri, nega ketyapsan?" dedim. U, "Sadiqa to'g'illardan birisi qechib ketgan edi. Shuni izlayapman" dedi. Men, "O'zingdan keyingi xalifalarni xor qilyapding" dedim. U, "Ey Abul Hasan, menga malomat qilmag'in. Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan zot bilan qasamki, Furat daryosi bo'yida bir dona kishi o'g'loq yo'qab ketsa, qiyomat kuni Umar radiyallohu anhu shuning sababi bilan jazoga tortiladi dedi. Qatodadan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Muayqib Umar radiyallohu anhuning xazinasiga mas'ul edi. Bir kuni u davlat xazinasini supurgan edi. U yerda bir dirham pul tepib oldi. Ondan uni Ibn Umar radiyallohu anhuga berdi. Muayqib mundoq deydi: Ondan uyimga qaytib kelsam, Umar radiyallohu anhuning elchisi meni chaqirib ketdi. Men borsam Umar radiyallohu anhuning qo'lida heliqi bir dirham turdi. U, "Issit sana, ey Muayqib, qalbingda menga qarshi bir sabab topdingmi yoki men bilan sening nima adovating bor?" dedi. Men, "Nima bo'ldi?" dedim. U, Muhammad alayhissalomning ummatining qiyomat kuni men bilan bu bir dirham haqida munozirlashini iroda qilsanda dedi. Mana bu Umar ibn Xattob radiyallohu anhuning yuzini ko'z yoshlarini ko'lab ikki qora siziqni qoldirgan edi. Parvardigoring nomida menga aytqinki, ko'z yoshlar go'shni ko'lab qandoqmi eqin paydo qila oladi? Qalbida qo'rqinish bor holatda kishini o'tkazmagan kishi jigarlarning qandoq parchalanadiganligini bilmaydi. U kechida o'qiydigan vazifalari ichida bir oyatdan o'tib og'rib qoladi. Hattoki sahobalar bir oygacha uning kesilini yo'qlaydi. Anas ibn Malik radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Bir kuni Umar ibn Xattob radiyallohu anhu bilan birga chiqdim. Hattoki u bir boqqa kirdi. Men bilan uning orasida tam bor edi. Uning bog'ining o'ttirisida turib mundoq deganligini angladim: Ey mu'minlarning amri Umar ibn Xattob, barakalloh. Alloh bilan qasamki, ey Xattobning o'g'li, jazman Allohdan qo'rqishing kerak, bo'lmasa u seni chuqum azoblaydi. Uning
zohidlikdan nurluq sahibalar. Umar radiyallohu anhu kamtar, turmushi g'urgul, tamaqi nachar, Allah haqida qattiq edi. Uning hayvida qattiq turib kiyimga terida yamoq salatdi. Tulumni mo'risiga elib ko'taratdi. Egar to'qimsiz eshakka va qattiq org'amchi bilan yuganlangan to'giga minatdi. U oz kulatdi. Hech kim bilan chaqchaqlashmaydi. Uning urkiga, "Ey Umar, sana nasihatchi bo'lishga o'lim yetarlik" deb uyulgan edi. U oz kulatdi. Hech kim bilan chaqchaqlashmaydi. Uning uzukiga, "Ey Umar, sana nasihatchi bo'lishga o'lim yetarlik" deb uyulgan edi. U xalifa bo'lgan vaqtda "Menga Allohning melidan 2 ton yozda 1 ton, qishda 1 tondan boshqasi halol bo'lmaydi. Mening oilamning uzuqligi Quraysh boylaridan bo'lmagan bir odamning uzuqligi bilan o'xshash. Ondan men musulmonlar ichidan bir odam" deydi. İbn Cezvi Ömer ibn Xattob radiyallohu anhuning fazilatlari haqida mundoq deydi. Abdul Aziz ibn Abi Jamila mundoq deydi. Ömer ibn Xattob radiyallohu anhu bir juma namoziga kechikib qoldi. U munbarga chiqqanda kishilarga uzr etdi. "Meni bu ko'nglim to'xtatib qo'ydi. Mening buningdan boshqa ko'nglim yo'q edi" dedi. U jamalg'on, oq, yangi 2 qo'lining beg'ishidan oshmaydigan ko'nglik edi. Jabir ibn Abdullah radiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Ömer ibn Xattob radiyallohu anhu mening qo'limda esilgan go'shtni ko'rib, "Ey Jabir, bu nima?" dedi. Men, "Ko'nglim go'shtni tortib qoldi. Shunga buni setib oldim" dedim. Ömer radiyallohu anhu, "Har qachon ko'ngling tarsa setib olasan. Bu oyatdan qo'rqmamsan. Sizlar lazzatlaringlarni hayotiy dunyoda bahramand bo'lib tugatdinglar" dedi. Sura Ahqob 20-oyat. Humayd ibn Hilaldan mundoq rivoyat qilinadiki, Habs ibn Abil As Umar radiyallohu anhuning tamaqini elib kelatdi-yu, o'zi yemaydi. Umar radiyallohu anhu uningga, "Nimishqa bizning tamaqimizni yemaysan?" dedi. U, "Sening tamaqing nachar, qattiq. Men menga etilgan tamoqqa berib shuni yeyman" dedi. Umar radiyallohu anhu, "Sen meni shuningdan ojiz deb qaramsan? Bir qo'yning terisini suyishga buyursam, shundoq qilinsa, bir parcha latida un tasqashga buyursam, tasqalgan un yana bir latiga to'kilsa, buyruq qilsam yumshoq non yiqilsa, bir sar quruq uzumni go'shtning mayiga to'kishga buyursam, uning ustiga suv quyilsa, shuning bilan u tamoq kiyikning qinidek bo'lsa" dedi. Habs, "Men seni rahat yashashni biladigan deb o'yladim" dedi. Ömer radiyallohu anhu, "Ha, jinim qulida bo'lgan zot bilan qasamki, agar yaxshiliklarim kemayib ketmasa edi, sizlarning farovon turmushinglarga sherik bo'lgan bo'lardim" dedi. Uni boshqalar ayiblab, "Yaxshi tamoq yegan bo'lsang, seni haqda turishga texmi kuchli qiladi" deganda, u mundoq dedi. "Men 2 hamrohim payg'ambar alayhissalom va Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu ni yo'l ustida qoldirib qo'ydim. Agar ularning yo'lini tark etsam, manzilida ularni topolmayman" dedi. Ocharchilik yuz bergan yili u moy bilan nondan boshqa narsa yemagachga terisi qoradab ketgan edi. U kishilar och qo'rsoq tursa, undaqda men to'ysam, men nima degan yomon vali deydi. "Ey Umar, sen nima degan yaxshi?" Anas radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Ocharchilik yuz bergan yili Umar radiyallohu anhuning qursiga ochlikdan ko'krab ketdi. U moy paytida o'ziga seriq moyni cheklagan. U barmog'ini qo'rsiqiga sanjib turib, ko'kirgan, "Kishilarning hayot qilishi uchun yenimizda buningdan boshqa narsa yo'q" dedi. Muaviya radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu dunyoni xolimidi. Dunyomi uni xolimidi. Ama Ömer radiyallohu anhuni dunyo xolidi. Ömer radiyallohu anhu bo'lsa dunyoni xolimidi. Biz bo'lsak dunyo ichida u yoq bu yoqqa o'rlayapmiz. Talha ibn Ubaydullah radiyallohu anhu mundoq deydi.
Ömer ibn Xattab radiyallahu anhu aramızda musulmon bo'lgan tunji kishi emas edi. Hijratda bizdan ilgari emas edi. Lekin u aramızda dunyoga eng qiziqmaydigan, oxiratga eng qiziqadigan kishi edi. Maslahat bayrog'ini ko'targuchi va uning qo'g'dog'ichisi. Parvardigoring sana u bayroqni yaxshi ko'rguchilar nomidan yaxshi mukofot qilib bersin. Ayrim kishilarni hisobga olmaganda, qarshilik bo'lishiga qaramasdan ko'pchilik kishilar uning bilan shahar gumron bo'lmaydi deb qaraydi. Ochliqda qolgan kishilar qatorida uningda ochliq pardalari ko'tarilib ketguncha xalifami ularga qo'shilib och yurdi. Butun dunyo ilkida turib xalifaning och qilishi tarki dunyolikdagi bir darajadir. Bu sifatga ega qilgan zot pokdir. Kim Abu Habs radiyallohu anhu va uning axloqi bilan bazlisha oladi? Kim Faruq radiyallohu anhuga o'xshashga ununna oladi? Bir kuni uning ayoli tatliq turimni xolab qoldi. Umar radiyallohu anhu ayoliga: "Menga tatliq turim setib olg'udek pul nadin kelsin? Bizning uzuqligimizning ortiqiga musulmonlar eng loyiqdir. Uni davlat xazinasiga qaytarib etgan" dedi. Uning axloqi shundoq ediki, payg'ambarlikdan keyin uningga o'xshaydigan axloq ko'rilib boqmadi. Uning kamtarligidan nurliq batlar. Mana bu mu'minlarning amri Umar ibn Xattab radiyallohu anhu butkul ummatga kamtarlikda eng go'zal misollarni bayon qilib beradi. Qatada mundaq deydi: Umar ibn Xattab radiyallohu anhu Jarut bilan birga masjiddan chiqib, yo'lga chiqib turgan bir ayolni ko'rdi. Umar radiyallohu anhu u ayolga salom berdi. U ayol Umar radiyallohu anhuga salom qaytardi. Yoki u ayol Umar radiyallohu anhuga salom qilgan edi, Umar radiyallohu anhu u ayolga salom qaytardi. Ondan u ayol: "Ey Umar, men seni tanıyman. Sen Ukazning bozorida kichik Umar deb atalatding. Kichik bolalar bilan chelishib yuratding. Ko'p vaqt o'tmay Umar radiyallohu anhu deb atalding. Yana ko'p vaqt o'tmay mu'minlarning amri deb atalding. Fuqarolar haqida Allohdan qo'rqding. Bilginki o'limdan qo'rqgan kishi fursatning qo'ldan ketishidan qo'rqadi" dedi. Umar radiyallohu anhu yig'lab ketdi. Jarut: "Mu'minlarning amriga jur'at qilding va uni yig'latding" dedi. Umar radiyallohu anhu: "Uni qo'ygin. Uni tanimamsan. U bo'lsa Alloh 7 qat osmon ustidan so'zini anglagan Havla bint Hakim radiyallohu anhadir." Umar radiyallohu anhu uning so'zini anglashga texmi loyiq dedi. Anas ibn Malik radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: Bir kuni Umar ibn Xattab radiyallohu anhu bilan birga chiqdim. U bir bog'ga kirib ketdi. U bog'ning ichida men bilan uning orlig'ida tam bor holatda uning: "Ey mu'minlarning amri Umar ibn Xattab, barakalloh. Ey Xattabning o'g'ilchigi, chuqum Allohdan qo'rqishing kerak. Bo'lmasa Alloh seni chuqum azoblaydi" deganligini angladim. Umar radiyallohu anhu kecha qorong'uligida sirtga chiqdi. Uni Talha radiyallohu anhu ko'rib qoldi. Umar radiyallohu anhu menib bir uyga kirdi. Ondan yana bir uyga kirdi. Tong otganda Talha radiyallohu anhu u uyga borgan edi. O'ltirib qolgan bir mo'may bor ekan. Talha radiyallohu anhu: "Bu odam yeningga nimishga keladi" dedi. U mo'may: "U odam meni paloni vaqtdan tartib yo'qlab turibdi. U odam menga foydali narsalarni elib keladi. Ziyonli narsalarni chiqarib etadi" dedi. Talha radiyallohu anhu o'ziga o'zi: "Ey o'lgur Talha, Umar radiyallohu anhudan qusur izlavatamsan" dedi. Umar ibn Xattab radiyallohu anhuning yeniga Iroqdan vakillar keldi. Ularning ichida Ahnab ibn Qays rahimahulloh bor edi. Ular nihoyat issiq kunda kelgan edi. Umar radiyallohu anhu bu chaqda bir to'niga o'rinib, sadiqa to'g'ilirdan birini maylavatdi. Umar radiyallohu anhu: "Ey Ahnab, kiyimingni qo'yib kelib, mu'minlarning amriga bu to'g'ini maylashga yordamlashgin. Chunki bu sadiqa to'g'ilari qatoridan. Buningda yetimning va tul ayollarning, miskinning haqqi bor" dedi. Kishilardan birisi: "Qullardan birini buyurgan bo'lsang, sana yetmasmidi" dedi. Umar radiyallohu anhu: "Mendunmi va Ahnabdinmi bak qaysi qul bor?
Qulning o'zi xo'jayinga nasihat qilish va omonatni ado qilish vojib bo'lgandek, musulmonlarning ishiga ega bo'lgan kishiga musulmonlarga mushundoq qilish vojib bo'ladi dedi. Mana bu Farx radhiyallohu anhu u Baytul Muqaddasga g'alaba qilg'uchi bo'lgan holda otga minib kirdi. Ot uning bilan g'odib minishga boshlaydi. Umar radhiyallohu anhu otni to'ni bilan o'rashga boshlaydi. Ondan Alloh sana buni o'rgatgan kishini satlashtirib etsin. Bu takabburlik qatoridan deydi. Ondan otdan tushib, meni faqat shaytonga mindirib qo'yibsizlar. Men buningdan tushmay turib, o'zimni yomon ko'rdim deydi. Muhammad ibn Umar radhiyallohu anhu al-Mahsumi otsudan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu namozga yig'ilinglar deb to'ladi. Kishilar yig'ilgan va ko'paygan vaqtda munbarga chiqdi. Allohga hamd va sano aytdi va loyiq ravishda madihiya o'qidi. Payg'ambar alayhissalomga durud aytdi. Ondan: "Ey xaloyiq, o'zimni bilgan vaqtimda Bani Mahzumdan bo'lgan hammalarimga podachilik qilardim. Ular menga xurmo va quruq uzumdan changallab beradi" dedi. Va yana: "Men shu kunimda va xalifa bo'lgan kunida ham o'xshashman" dedi. Ondan munbardan tushdi. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu: "Ey mu'minlarning amiri, doim o'zingni ayblab kelding" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Ey Avfning o'g'li, issit sana. Men yolg'iz qolgan edim, nafsim menga. Sen degan mu'minlarning amiri, sendan ortiq kim bor" dedi. Shunga uning o'zini tunutib qo'yay dedim dedi. Hasan radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Havo nihoyatda issigan bir kuni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu to'nini beshiga qo'ygan holda chiqdi. Uning yenidan eshakka minib olgan bir yigit o'tdi. Umar radhiyallohu anhu: "Ey yigit, meni sen bilan mindirib olg'in" dedi. Heliqi yigit eshakdan sakrab tushdi. "Ey mu'minlarning amiri, mingin" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Yo'q, sen mingin. Men sening kayninga minay. Sen meni tuz yerga mindirib, o'zing qattiq yerga minmoqchi" dedi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu u yigitning kayniga mindi. Madinaga u yigitning kayniga mingan holda kirdi. Kishilar uningga qarab turardi. Abu Mahsuradan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Umar radhiyallohu anhuning yanida o'ldiruqliq edim. Safvan ibn Umayya bir necha odam ko'taralaydigan taxsini to'nida elib keldi. U taxsini Umar radhiyallohu anhuning oldida qo'ydi. Umar radhiyallohu anhu miskin kishilarni va atrofidagi kishilarning qo'llarini chaqirdi. Ular uning bilan birlashdi. Ondan Alloh kishilarni mundoq qilib etsin, yoki o'z qullari bilan birga yeyishdan yuz o'ragan kishilarga Alloh la'nat qilsin dedi. Safvan: "Ammo Alloh bilan qasamki, biz ulardan yuz o'rmaymiz, lekin biz boshqalarni ulardan a'lo ko'ramiz. Alloh bilan qasamki, biz o'zimiz yigidek va ularga yigizgidek yaxshi tamoq topa olmaymiz" dedi. Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu mundoq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning mo'risida bir tulum suni ko'rib, "Ey mu'minlarning amiri, sana bu loyiq emas" dedim. U: "Vakillar menga bo'ysunib quloq selib kelgan vaqtda nafsimga maqtishi kirib qoldi. Shu nafsimni sundirishni iroda qildim" dedi. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetli anlıqçılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالية. نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli azizler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlıq kitabını huzuruna sunumuz. فالسكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu
Allah onundan razı olsun. 6. kısım. Onun Hormuzan bilen bulgan kıssısı. Kemterlikning yuqori pallasi. Onun Farislar mag'lub bo'lgandan keyingi Hormuzan bilan bo'lgan qissasiga qarang. Musulmonlarning vakillari keldi. Ularning ichida Anas ibn Malik va Ahnab ibn Qays bor edi. Hormuzan ular bilan birga edi. Ular g'animatning 5dan birini elib kelgan edi. Ular Madinaga kirib Umar radhiyallohu anhuning uyini maqsad qilib mondi. U yerda hech kimni ko'rmagachga qaytib ketdi. Ular o'ynayotgan bolalarni ko'rib, Umar radhiyallohu anhu to'g'riliq so'ragan edi. Bolalar, u masjidda to'nini yostiq qilib uxlayotdi dedi. Ular masjidga qaytib borgan edi. Umar radhiyallohu anhu vakillar uchun kiyadigan to'nini yostiq qilib uxlayotgan edi. Masjidda uningdan boshqa odam yo'q edi. Darra uning qo'lining beshiga esilgan edi. Hormuzan, Umar radhiyallohu anhu qani dedi. Ular, mushu kishi shu dedi. Kishilar Umar radhiyallohu anhuni uyg'otib etmaslik uchun ovozini paslatishga boshladi. Hormuzan, uning mulozimlari qani? Uning qo'g'dog'ichilari qani dedi. Ular, uning mulozimimi yo'q, qo'g'dog'ichilarimi yo'q, katibim ham yo'q, yumshoq o'rindig'im ham yo'q dedi. Hormuzan, bu payg'ambar bo'lishga loyiq ekan dedi. Ular, undaq emas, balki payg'ambarning amalini qiladi dedi. Umar radhiyallohu anhu fuqarolarning boshqaruvchisi turib, fuqarolar orasida bekor yotganligini ko'rib Kisroning hamrohi cho'chib ketdi. U Faris podshohlarini qo'g'daydigan askar va qo'g'dog'ichilardan tashkillangan tomlar borligini biladi. U Umar radhiyallohu anhuning uyqu g'ariq holatda yotganini ko'rdi. Uningda ulug'liqning eng yuksak ma'nosini ko'rdi. Umar radhiyallohu anhu tuproq ustida kiygiz uyning soyasida kaygili uzoq bo'lganlikdan chirib ketay deb qolgan bir to'nga yo'g'inib yotadi. U cho'ng biladigan kisralar va ularning qo'lidagi mol dunyolar uning ko'z oldida xor ko'rindi. Shuning bilan u shundoq bir haq so'zni aytdiki, bu so'z kishilar avlod rivoyat qiladigan maqol tamsiliga aylandi. Kishilar orasida odillikni barpo qilganlikning uchun xotirjam bo'ldim. Shunga xushal, baxtli kishi uxlagandek uxladim. Sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi ulgudir. Ummatning farixi radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga ergashish va uning izidan mengishda eng go'zal misolni bayon qildi. Bizga Umar radhiyallohu anhu tarix peshonasiga nurdun bo'lgan qurlar bilan yozgan ana shu misollarni o'ylashimiz yetarli. Atika bint Zayd radhiyallohu anha ibn Amrdan mundaq rivoyat qilinadi. U Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning ayoli edi. U Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan masjidga berishga ruxsat so'raydi. Umar radhiyallohu anhu, Alloh bilan qasamki, sen buni mening yoqtirmaydiganligimni bilasan dedi. Umar radhiyallohu anhu kullamchi odam edi. Ayoli, Alloh bilan qasamki, sen meni to'smaydiganli bo'lsang, chuqur boraman dedi. Umar radhiyallohu anhu uni to'smaydi. Ayoli masjidda bo'lgan vaqtda uningga pichoq tiqilib, yana bir rivoyatda Atika radhiyallohu anha bomdod va xubdan namozida jamoatga qatnashadi. Uningga nima uchun masjidga chiqsan? Sen Umar radhiyallohu anhuning buni yomon ko'radiganligini va kunlaydiganligini bilasan deyildi. U undaqda Umar radhiyallohu anhu nimishqa to'smaydi dedi. Ular payg'ambar alayhissalom Allohning didaklarini, ya'ni ayollarni Allohning masjidlaridan to'smanglar degan so'zi uni cheklab qo'ydi dedi. Qarang, uning oila a'zolariga bo'lgan kullamchiligi shu qadar qattiq turib, ayolini to'smadi. Uning bu qadar kullamchiligi payg'ambar alayhissalomga maxfiy emas edi. Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: "Men uxloqliq vaqtimda tushimda o'zimni jannat ko'rdim. U vaqtda bir ayol saroyning yenida tahorat elayotgan ekan. Men bu saroy kimning dedim. Ular Umar radhiyallohu anhuning dedi. Men Umar radhiyallohu anhuning kullamchiligini aslab qaytib ketdim." Mushunda qattiq kullamchiligi bo'lishiga qaramasdan, u payg'ambar alayhissalomning buyrug'iga xiloflik qilmadi. Nimishqa undoq bo'lmasin?
u ummatning faruqi, Allohga ko'p qaytquchi, Qur'on dasturxonida tarbiyalangan, maxluqotlarning sardorining shogirdi bo'lgan kishiga do'sti, ulgisi va eng oliy namunasi bo'lgan Muhammad alayhissalomga xiloflik qilishi loyiq emasdir. Zayd ibn Aslam radiyallohu anhudir rivoyat qilinadiki, Umar ibn Xattob radiyallohu anhu avvalgi muhojirlarga ortiq berdi. Ularning bolalariga ulardan oz berdi. Usama ibn Zayd radiyallohu anhuni Abdullah ibn Umar radiyallohu anhudan ortiq bildi. Abdullah ibn Umar radiyallohu anhu mundaq deydi: "Mana bir odam mu'minlarning amri yoshda sendan cho'ng bo'lmagan, hijratda sendan afzal bo'lmagan va sen qatnashmagan g'azotlarga qatnashmagan birini sendan ortiq bildi-ku" dedi. Abdullah mundaq deydi: "Men odam bilan paranglashib, ey mu'minlarning amri, yoshda mendan cho'ng bo'lmagan, hijratda mendan afzal bo'lmagan va men qatnashmagan g'azotlarga qatnashmagan kishini mendan ortiq bildingmi?" dedim. Umar radiyallohu anhu: "U kim?" dedi. Men: "Usama ibn Zayd radiyallohu anhu" dedim. U: "Rost aytding. Alloh bilan qasamki, haqiqatan shunday qildim. Chunki Zayd ibn Harisa radiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga Umar radiyallohu anhudan suyumlik edi. Usama ibn Zayd radiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga Abdullah ibn Umardan suyumlik edi. Shuning uchun shunday qildim" dedi. Harisa ibn Muzarribindan mundaq rivoyat qilinadi. U Umar ibn Xattob radiyallohu anhu bilan haj qilgan edi. Umar radiyallohu anhuning yeniga Sham ahlining sharafli kishilari keldi. Ular: "Ey mu'minlarning amri, biz mollarimizdan qul va chorvalarga erishdik. Mollarimizning bir qismini sadiqa hisobida olginki, uning bilan bizning gunohlarimizni poklaysan. Buning bilan bizning mollarimiz ko'paydi" dedi. Umar radiyallohu anhu: "Bu mendan burungi ikki hamrohim qilmagan ish. Men musulmonlardan so'rg'ichi kutib turinglar" dedi. Abid ibn Rabi'a radiyallohu anhu Umar radiyallohu anhu to'g'riliq mundaq rivoyat qiladi. Umar radiyallohu anhu Hajarul Aswadning yeniga kelib so'ydi. Ondan: "Men haqiqatan sening ziyon yetkazolmaydigan va foyda yetkazolmaydigan bir tosh ekanligingni bilaman. Agar payg'ambar alayhissalomning seni suyganligini ko'rmagan bo'lsam, seni so'ymaydim" dedi. Mana bu eng go'zal shakldagi, eng go'zal ma'nodagi agishishdir. Hafiz Fathul Barida mundaq deydi: Umar radiyallohu anhuning bundaq qilishining sababi kishilar butga ibodat qilishdan yengla qo'l uzgan edi. Shunga Umar radiyallohu anhu bilimsiz kishilarning bu toshni silash xuddi arablar jahiliyat davrida qilgandek, kishilar ba'zi toshlarni ulug'laganlikdan deb o'ylab qilishidan ansirab, kishilarga bu toshni suyganlik payg'ambar alayhissalomga agishish uchun ekanligini bildirib qo'yishni iroda qilgan. Ondan Hafiz mundaq deydi: Umar radiyallohu anhuning bu so'zida shariatni bekitgan zot payg'ambar alayhissalomga din ishlarida bo'ysunish va ma'nisi aniq bo'lmagan ishlardimi chiroyliqcha agishish bordir. Bu bo'lsa payg'ambar alayhissalom qilgan ishlardagi hikmatni bilmasmi? Payg'ambar alayhissalomga agishdagi katta bir asosdir. Said ibn Yaziddan mundaq rivoyat qilinadi. U mundaq deydi: Masjidda turatdim. Birisi menga shig'il otdi. Qarasam Umar ibn Xattob radiyallohu anhu ekan. U avi ikki odamni yenimga elib kelgan dedi. Ularni elib kelsam, u: "Ikkinglar kim? Yoki sizlar qayerdayin?" dedi. Ular: "Toib ahli deyin" dedi. Umar radiyallohu anhu: "Agar sizlar shaharlik bo'lgan bo'lsanglar, sizlarni azoblagan bo'lardim. Payg'ambar alayhissalomning masjididami ovozinglarni ko'taramsizlar" dedi. Bu bo'lsa Umar radiyallohu anhuning umumiy ummatlarga qilgan nasihatidir. U mundaq deydi: "Ko'z qarashlarga tayinib ish qiladiganlardan yiroq turinglar. Ular sunnatning dushmanlaridir. Hadislarni yodlash eg'il kelgachga ular ko'z qarash bilan so'zladi. Shunga ular ozdi, boshqalarni ozdirdi." Faruq va avliyolarning karomatlari. Karomat bo'lsa Alloh o'z kitobida sifatlagan solih do'stlarga ato qilgan narsalardandir. Alloh taolo mundaq deydi: "Rasululloh Allohning do'stlariga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish yo'qdir. Ular g'am andisha qilmaydi. Ular iymon etgan va taqvodorlik qilganlardir. Ularga dunyo va oxiratda xush xabar beriladi. Ya'ni dunyoda jon uzish vaqtida Allohning roziligi va rahmatiga erishadiganligi bilan
oxiratda nozu ne'matlik jannatga kiradiganligi bilan xush xabar beriladi. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Ana shu katta baxtdir. Sura Yunus 62, 63, 64 oyatgacha. Alloh taolo ummatning faruxiga karomatlardan xushpuroq bir dastani in'om qilgan edi. Bu karomatlarning bir qismini tilga elish bilan kifoyalanamiz. Ey Sariya, taqqa chaplashib olgin. Abdullah ibn Umar radiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Umar radiyallohu anhu bir qo'shin avatdi. Bu qo'shinga Sariya deb ataladigan bir kishini boshliq qildi. Bir vaqtda Umar radiyallohu anhu xutba o'qib o'tib, "Ey Sariya, taqqa chaplashib olgin. Ey Sariya, taqqa chaplashib olgin" deb 3 qatim to'ldi. Qo'shin qaytib kelganda Umar radiyallohu anhu bu qo'shindan ahvol so'radi. Sariya mundoq dedi: "Ey mu'minlarning amiri, biz mag'lub bo'lgan edik. Shundoq turgan holatimizda bir to'lug'ichining, ey Sariya, taqqa chaplashib olgin. Ey Sariya, taqqa chaplashib olgin" deb 3 qatim to'lig'ini angladik. Ondan biz dumbimizni taqqa yo'lidik. Shuning bilan Alloh ularni mag'lub qildi dedi. U mundoq deydi: Umar radiyallohu anhuga sen shundoq to'lig'an eding deyildi. Shayx Albani mundoq deydi: Bu qissa ishonchlik, sabit bo'lgan bir qissadir. Bu bo'lsa Alloh Umar radiyallohu anhuni hurmatlagan bir karomatdir. Alloh shu orqali musulmonlarni asirga tushib kelishdan yoki dushmanlar tarafidan o'ldirilishdan saqlab qolgan. Buningda poplar da'vo qilganda g'aybni da'vo qilish yo'q. U faqat shariat tunishida ilhom, hozirgi zamon tunishida yiroqdan his qilishdir. U, ya'ni Umar radiyallohu anhu gunohdan xoli emas edi. Ba'zida yuqoridagi qissadagidek to'g'risiga yetadi. Ba'zida ko'pincha insonlarda yuz bergandek o'xshash xatolashib ketadi. Umar ibn Xattob radiyallohu anhudan Misrdagi Nil daryosiga Qays ibn Hajjaj uningga so'zlab bergan kishidan rivoyat qilib mundoq deydi: Misr fathi qilinganda ajam oylardan bo'lgan Bu'na degan oy kirganda Misrliklar Amir ibn As radiyallohu anhuning yeriga kelib, "Ey Amir, bizning bu Nil daryorimizning bir odati borki, u bo'lmasa Nil daryosiga suv kelmaydi" dedi. Amir radiyallohu anhu: "U nima odat?" dedi. Ular oyga 12 bo'lganda biz bir qizni ota-onasidan so'raydik. Ota-onasini rozi qilib, u qizga kiyim-kechak va zibu zunnatning eng yaxshisini kiygizatdik. Ondan uni daryoga tashladik dedi. Amir ibn As radiyallohu anhu ularga: "Bu islomda to'g'ri bo'lmaydigan ishlardandir. Islom bundan burungi ishlarni yo'qqa chiqaradi" dedi. U mundoq deydi: "Shuning bilan ular Bu'na, Abib, Busra oylarida turib turdi. Nil daryosiga faqat suv kelmadi. Hattoki ular Misrdan chiqib ketmoqchi bo'lishdi. Shuning bilan Amir radiyallohu anhu Umar ibn Xattob radiyallohu anhuga xat yozdi. Umar radiyallohu anhu uningga xat yozib: "Haqiqatan to'g'ri qilibsan. Men bir bog'oqcha avatdim. Bog'oqchini Nil daryosiga tashlag'in" dedi. Uning xati kelganda Amir radiyallohu anhu bog'oqchini oldi. Bog'oqchida mundoq yozilgan edi: Allohning bandasi, mu'minlarning amri Umar ibn Xattob radiyallohu anhudan Misrliklarning Nil daryosiga. Maqsadga kelsak, agar yuzlikingdan va yuz buyruqing bilan oqadigan bo'lsang, bo'ldi, oqma. Bizning sana hojatimiz yo'q. Agar sen yolg'iz qahra qilg'uchi Allohning buyrug'i bilan oqadigan bo'lsang, u seni oqqizadigan zotdir. Biz Allohdan uni oqqizib berishni so'raymiz. Umar radiyallohu anhu bog'oqchini suvga tashladi. Shanba kuni bo'lganda tong otquchi Alloh Nil daryosida 16 gaz suvni oqqizib berdi. Bugunga qadar shu yomon odatni Alloh Misr ahlidan to'xtatib etdi. Muaz ibn Qurra radiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Umar ibn Xattob radiyallohu anhu Yaman ahlidan bir turkum kishilar bilan uchrashib, "Sizlar kim?" deb so'radi. Ular: "Tavakkul qilg'uchilar" dedi. Umar radiyallohu anhu: "Balki sizlar yo'linib olg'uchilar. Tavakkul qilg'uchi degan yerga uruqni chechib, ondan Alloh azza va jallaga tavakkul qiladigan kishilardir" dedi. Ma'rur ibn Suvayd Umar radiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Ey qorilar guruhi, beshinglarni ko'taringlar. Yo'l nima degan aniq. Yaxshilikqa oldiringlar. Musulmonlarga yuk bo'lmanglar. Apuni do'st tutqin, yaxshilikqa buyrug'in, nodonlar bilan tang bo'lmag'in.
biz balkim har kuni musulmonlar orasida dushmanlik va o'chmanlik manzillarini ko'rishimiz, apu qiladigan yoki kechirib o'tadigan kishilarning nihoyatda oz sonda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Buning sababi iymonning ojizligi va Allohning kitobiga amal qilmaslik. Turki, Allohning kitobi Qur'on bizni apu qilishda, kechirishga va nodonlar bilan teng bo'lmaslikka buyuruydi. Mana bu ummatning Farixi radhiyallohu anhu o'zi uchun intiqom elishga qodir turib, mu'minlarning amri turib, Allohning kitobidan bir oyat anglagan hamon Alloh azza va jallaning so'ziga bo'ysunadi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: Uyayna ibn Hisn ibn Huzayfa qarindishining o'g'li Hur ibn Qaysning yoniga kelib tushdi. Hur ibn Qays Umar radhiyallohu anhu o'ziga yaqin qilgan kishilarning qatoridan edi. Qarilar mayli o'tir yosh bo'lsin, mayli yosh bo'lsin, Umar radhiyallohu anhuning so'rindoshlari va maslahatchilari edi. Uyayna qarindishining o'g'liga: "Ey qarindishimning o'g'li, sening bu amirning nazarida 100 obro'ying bor. Men uchun uning yoniga kirishga ijozat so'rag'in" dedi. Hur: "Sen uchun uning yoniga kirishga ijozat so'rayman" dedi. Ibn Abbas mundaq deydi: Hur Umar radhiyallohu anhudan ijozat so'rgan edi. Umar radhiyallohu anhu ijozat berdi. Uyayna Umar radhiyallohu anhuning yoniga kirganda: "Mana sen, ey Xattabning o'g'li, Alloh bilan qasamki, sen bizga ko'p narsa bermaysan, oramizda odillik bilan hukm qilmaysan" dedi. Umar radhiyallohu anhuning g'azabi kelib, Uyaynani jazolamoqchi bo'ldi. Hur: "Ey mu'minlarning amri, Alloh o'z payg'ambari sallallohu alayhi va sallamga apuni do'st tutgin, yaxshilikqa yaxshi so'z qilishga, yaxshi amalni qilishga buyurgan, nodonlar bilan teng bo'lmagan, ya'ni nodonlar qilganni qilmay, ularga muloyim bo'lgan" degan edi. U ya'ni Uyayna nodonlar jumlasidan dedi. Alloh bilan qasamki, Hur bu oyatni Umar radhiyallohu anhu o'qib berganida, u bundan o'tib ketmadi. U Allohning kitobiga bak amal qiladi. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Fuqarolariga mehribon kishi. Mana bu Farix radhiyallohu anhuning to'g'ri bo'lgan xalifaligi soyasi ostida yashagan fuqarolarga bo'lgan rahim shafqatidan nurlangan suratlardir. Zayd ibn Aslam otasidan rivoyat qilib mundoq deydi: "Men Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan voqimga chiqdim. Biz sararga borganda yenib turgan o'tni ko'rdik. Umar radhiyallohu anhu: Ey Aslam, men bularni kecha va sovuq to'xtatib qo'ygan karvonmikin deyman. Yurayli" dedi. Biz yugurgan peti chiqib, ularga yaqinlashdik. U yerda kichik bolalar bor bir ayol va ustiga issiqlik qozon bor ekan. Uning bolalari nolib faryod qilayotgan ekan. Umar radhiyallohu anhu yo'ruqliq yenidikilarga: "Sizlarga salom" dedi. U "Ey o'tning yenidikilar" deyishni yoqtirmadi. Ayol "Salom salom bo'lsin" dedi. Umar radhiyallohu anhu "Yaqin kelsan bo'lamdi" dedi. Ayol "Yaxshilik bilan kelgan yoki bizni tark qilg'in" dedi. Umar radhiyallohu anhu yaqin kelib "Sizlarga nima bo'ldi" dedi. Ayol "So'g'uq va kecha bizni to'xtatib qo'ydi" dedi. Umar radhiyallohu anhu "Bu nolib faryodni qilayotgan bolalar-chu" dedi. "Ojlik" dedi. Ayol Umar radhiyallohu anhu "Qozondagi nima u" dedi. Ayol "Suv. Buning bilan bolalar uxlab qolguncha ularni bezlayman. Alloh biz bilan Umar radhiyallohu anhuning orasida hukm qilg'ay" dedi. U ayol Umar radhiyallohu anhu "Alloh sana rahmat qilsin. Sizlarni Umar radhiyallohu anhu qandoq biladi" dedi. Ayol "Umar bizning ishimizga mas'ul bo'ldi-yu, bizdan bexabar yuriydi" dedi. Umar radhiyallohu anhu menga qarab "Yurayli" dedi. Biz yugurib chiqib ochliq uyiga keldik. Umar radhiyallohu anhu azroq may qachilangan bir tog'arni elib chiqib, "Buni menga yutgizib qo'ygin" dedi. Men yuday dedim. Umar radhiyallohu anhu menga yutgizib qo'ygin dedi. Umar radhiyallohu anhu 2 yoki 3 qatim menga yutgizib qo'ygin dedi. Men har qatimda sening o'rningda men yuday dedim. Oxiri u menga "Bu o'lgurning bolasi, qiyomat kunimi mening gunohlarimni yudalamsan" dedi. Shuning bilan men tog'arni uningga yutgizib qo'ydim. U mangdi. Menmi uning bilan bilmadim. Biz yugurgan holda u ayolning yeniga bordik. Umar radhiyallohu anhu tog'arni yerga tashladi va undan azroq qoldi. Umar radhiyallohu anhu u ayolga: "Sen uni selib bergin, men qo'chib beray" dedi. Umar radhiyallohu anhu qozonning ostidan o'tni pulashga boshladi. Uning soqollari quyuq edi. Men uning soqollari orasidan tutun chiqayotganligini ko'rdim.
Hattoki tamoq pishdi va qozon qaynashdan to'xtadi. Umar radhiyallohu anhu qozonni tushirib, "Menga bir narsa izdigan" dedi. Ayol Umar radhiyallohu anhuga bir qocha elib kelib berdi. Umar radhiyallohu anhu tamoqni qochaga qo'yib, "Ondan sen bolalarga tamoq yegizgin, men sana suv beray" dedi. Ular to'ymagacha Umar radhiyallohu anhu to'xtamadi. Ondan tamoqning oshqinini ayolning yenida qoldirib qo'yib, turib ketdi. Menmi uning bilan birga turib ketdim. U ayol, "Alloh sana yaxshi mukofot bersin. Sen bu ishga mu'minlarning amri Umar radhiyallohu anhudanmi bakroq loyiq ekansan" deyishga boshladi. Umar radhiyallohu anhu, "Yaxshi so'z qilgin. Mu'minlarning amrining yeniga borsang, Alloh xolisa meni u yerda topsan" dedi. Ondan Umar radhiyallohu anhu bir tarafga o'tib, u ayolga qarab turdi va yirtqich hayvon tizlangandek tizlandi. Men uningga, "Sening buningdanmi boshqa ishlaring bor" dedim. U bo'lsa, menga so'z qilmaydi. Hattoki men u bolalarning uningga chaplashib olganligini va kulayotganini ko'rdim. Ondan ular uxlab qoldi va tinishlandi. Umar radhiyallohu anhu Allohga hamdu o'qigan holda o'rnidan turdi va menga, "Ey Aslam, ochliq ularni uyqusiz qo'ydi va yig'latdi. Men ularning kulib uxlag'ini ko'rmay qaytishni yomon ko'rdim" dedi. Ibn Umar radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, u mundoq dedi. Bir to'p tijoratchilar kelib namozgohga tushdi. Umar Abdurrahman ibn Avfga, "Bu kecha ularni o'g'irlardan qo'g'dishimizni xohlamsan" dedi. Va bu kechada ikkalan ularni o'g'irlardan qo'g'dab, Alloh taqdir qilgan miqdorda namoz o'qidi. Umar radhiyallohu anhu bir kichik bolaning yig'lagan ovozini anglab, u tarafga bordi va bu bolaning onasiga, "Allohdan qo'rqing va balonga yaxshilik qilgin" dedi va o'z o'rniga qaytdi. Ondan u bolaning yig'lagan ovozini yana anglab, yana u ayolning yoniga kelib, "Ilgirkidek" dedi va yana o'z o'rniga qaytib ketdi. Kechining oxiri bo'lganda bolaning yig'lagan ovozini yana anglab, yana u ayolning yoniga kelib, "Sit sana, men seni haqiqatan yomon ona deb qarayman. Nemishqa kechidan beri balongning tinchlanganini ko'rmayman" dedi. U ayol, "Ey Allohning bandasi, butun kecha meni bak bezor qilding. Men bu bolani sutdan ayirish uchun aldayotgan edim, lekin u ayrilg'ili unmayotdi" dedi. Umar radhiyallohu anhu, "Nemishqa ayirib etsan" dedi. Ayol, "Chunki Umar faqat sutdan ayrilgan bolalarga ta'minot bekitib beradi" dedi. Umar radhiyallohu anhu, "Uningga qanchalik ta'minot ketadi" dedi. Ayol, "Bir oyda munchalik ketadi" dedi. Umar radhiyallohu anhu, "Sitsana, uni ayirishga oldirmag'in" dedi. Ondan u bomdod namozini o'qidi. Ko'p yig'laganlikdan kishilar uning qiroatini yaxshi anglay olmayotdi. U namozdan salom bergandan keyin mundoq dedi: "Ey bechora Umar, qanchilgan musulmon farzandlarini o'ldirdim." Ondan u jakorchisini buyurib, "Quloq selinglar, kichik bolalaringlarni sutdan ayirishga oldirmanglar. Biz islomda tug'ilgan hamma bolalarga ta'minot bekitib beramiz" deb jakorladi. Boshqa joylarga xat yozib, islomda tug'ilgan har bir bola uchun ta'minot bekitishga buyurdi. Abu Osmonda rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Umar radhiyallohu anhu Bani Asad qabilasidan bir kishini amalga qo'ydi. U kishi Umar radhiyallohu anhuga salom berish uchun kirdi. Umar radhiyallohu anhuning bolalaridan biri keltirilgan edi. Umar radhiyallohu anhu uni so'ydi. Shuning bilan u kishi: "Mushu bolanimi so'yamsan? Ey mu'minlarning amri, Alloh bilan qasamki, men bolalarimni qat'iy so'yib boqmadim" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Alloh bilan qasamki, sen kishilarning bolalariga texim rahim qilmaydi ekansan. Bundan keyin menga hech ish qilib berma" dedi va uningdan amaldorlik to'xtamini qaytirib oldi. Ya'ni uni ishdan bo'shatdi yoki u mundoq dedi: "Ondan Alloh azza va jalla qalbingda rahim shafqatni tortib olgan bo'lsa, menda nima gunoh? Alloh bandalari orasidan faqat rahimdil bandalarga rahim qiladi" dedi. Ondan u xatni yirtib etgan. O'z bolalariga rahim qilmagan kishi qandoqmi fuqarolarga rahim qilsin dedi. Qusama ibn Zuhayrdan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Bir Arabiy kishi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning yoniga kelib to'xtab: "Ey yaxshi Umar, jannatni mukofot qilib berilding. Kichik qizlarimga ta'minot bergin va ularga kiyim bergin. Alloh bilan qasamki, cho'qim shundoq qilasan" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Ey Arabiy, agar undoq qilmasam nima ish bo'ladi" dedi. Arabiy: "Alloh bilan qasamki, so'zimni davomlashtiraman" dedi. Umar radhiyallohu anhu:
Ey A'rabi, davomlashtirsang nima ish bo'ladi dedi A'rabi. Allah bilan qasamki, mening ahvolim to'g'risida cho'qim so'rilsin. Ondan bu haqda savollar bo'ladi. Ondan so'ralg'uchi jannat va do'zax o'tirsida to'xtatilib qo'yiladi. Oxirida jannatga yoki do'zaxga boradi dedi. U mundaq deydi. Ondan hatto Umar radhiyallohu anhu yig'lab ketdi. Yoshlari bilan soqollari ho'l bo'lib ketdi. Ondan ey xizmatchi, uning o'qigan she'ri bilan emas, balki ana shu kun uchun mening bu ko'ngligimni uningga bergin. Allah bilan qasamki, menda buningdan boshqa ko'nglik yo'q dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi. Yenimizga Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Allohning roziligi uningga bo'lsin haj qilib keldi. Uning uchun Safvan ibn Umayya tamoq etdi. Ular tamoqni 4 odam ko'taroladigan bir qochida elib kelib kishilarning oldida qo'ydi. Kishilar tamoq yeyishga boshladi. Xizmatchilar bo'lsa uyra turadi. Umar radhiyallohu anhu, "Menga nima bo'ldi? Xizmatchilaringlarning sizlar bilan tamoq yeganligini ko'rmayman-ku. Sizlar ulardan 100 o'rimsizlar" dedi Sufyan ibn Abdullah. Ey mu'minlarning amiri, Alloh bilan qasamki, undaq emas. Biz boshqalarni ulardan a'lo bilmaymiz dedi. Umar radhiyallohu anhu qattiq ochiqlandi. Ondan kishilarga nima bo'ldiki, boshqalarni xizmatchilardan a'lo biladi. Alloh ularni undaq qilaversin, mundaq qilaversin deyishga boshladi. Ondan xizmatchilarga "O'ltiringlar, yenglar" dedi. Mu'minlarning amri tamoqni yemadi. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالية. نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetlik azizler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlıq kitabını huzuruna sunumuz. فالسكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي منيا فملء الكون أسراح. Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu, Allah onundan razı olsun. 7. qism. Uning fuqarolarining butun ummatga yaxshilik elib kelishini yaxshi ko'rishi va amroqligi. Mana bu Ömer radhiyallohu anhudirki, uning fuqarolariga intayin amroq ekanligi va gunoh ma'siyatga tushib qilishidan ansiraydiganligi va ularning orasida yordam berguchiga muhtoj, och yoki kasal kishilarning bo'lishidan ansiraydiganligini ko'rsan. U fuqarolarga nisbatan qutqizish balonining o'rnida edi. Chunki u Parvardigorim meni kecha kunduz ko'zitib turadi deb biletdi va fuqarolarini faqat Alloh azza va jallaga itoat qilishga buyurdi. Aslam radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: "Men bir chaqda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan billa edim. U yerim kechada Madina ko'chalarini charlab etib, herib ketib bir tomning yeniga kelib yo'linib oldi. U vaqtda bir ayol o'z qiziga: "Ey qizim, turib sutga suv aralashtirib etkin" deb atdi. Qiz onasiga: "Ey ana, mu'minlarning amrining buyrug'ini bilmamsan" dedi. Onasi: "Mu'minlarning amrining nima buyrug'i bor ekan?" dedi. Qiz: "U jakorchisini sutga suv aralashtirmasin deb jakorlatibdi" dedi. Onasi: "Qizim, turib sutga suv aralashtirg'in. Biz Umar radhiyallohu anhu mu jakorchisimi ko'rolmaydigan o'rinda" dedi. Qizi: "Ana, men Umar radhiyallohu anhuga kishilar bor yerda bo'ysunib, kishilar yo'q yerda osiylik qilolmayman" dedi. Umar radhiyallohu anhu yuqorqi so'zlarning hammasini anglab turadi. Umar radhiyallohu anhu: "Ey Aslam, ishga belgi selib qo'ygin va bu o'rinni tunib olg'in" dedi. Ondan charlashni davomlashtirdi.
tang atqanda Ömer radiyallohu anhu, ey Aslam, heliqi urungu berib, paranglashgan heliqi ikki ayol kimken? Ularning eri bormikan? Qarab kelgin dedi. Men u joyga berib ko'zatsam, u qizning eri yo'q ekan. Onasimi tul ishken. Ömer radiyallohu anhuning yeniga kelib ahvolni yetkizgan edim. U balalarning hammasini chaqirib yig'di. Oranglarda o'ylanishga ehtiyoji borlar bormi? Bor bo'lsa o'ylab qo'yman. Agar otanglar ayol kishiga harakat qila olgan bo'lsa edi, sizlardan hech kim u qizga uningdan burun erisholmas edi dedi. Abdullah radiyallohu anhu, mening ayolim bor dedi. Abdurrahman radiyallohu anhu mu, mening ayolim bor dedi. Asim radiyallohu anhu, ata, mening ayolim yo'q, menga elib bergin dedi. Umar radiyallohu anhu u qizga elchi avatib, u qizni Asim radiyallohu anhuga elib berdi. U qiz Asim radiyallohu anhuga bir qiz tug'ib berdi. Tug'ilgan qiz Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohni tug'di. Sa'id ibn Jubayr radiyallohu anhudan ishonchli kishilar orqali mundoq rivoyat qilinadi. Umar ibn Xattob radiyallohu anhu kech bo'lganda qamchisini elib Madinani aylanatdi. Yomon ishlarni ko'rsa to'satdi. Bir kechasi u chorlayotganda o'g'zidagi bir ayolning yenidan o'tdi. U mundoq davatdi. Bu kecha ajab uzun bo'ldi. Bir qismi qorong'u bo'ldi. O'ynashadigan hamrohimning yo'qligi meni uyqusiz qo'ydi. Allah bilan qasamki, yakki yigona bo'lgan Parvardigor, Allohdan qo'rqish bo'lmasa edi, bu karvatning yollari midirlab ketgan bo'ladi. Meni Parvardigorimdan qo'rqish va hayo meni gunohdan to'sib turadi. Erim meni degan narsaga qo'l tekkizilishdan saqlayman. Ondan u ayol tartdi va Umar radiyallohu anhuga kechida yo'liqqan qiyinchilikim oson bilindi dedi. Umar radiyallohu anhu o'ylining eshigini qoqqan edi. Ayol, bundoq vaqtda eri yo'q ayolning eshigini qoqqan kim? dedi. Umar radiyallohu anhu, eshikni ochqin dedi. Ayol rad qildi. Umar radiyallohu anhu qayta davargan edi. Ayol, bilginki, Allah bilan qasamki, agar bu ish mu'minlarning amriga yetgan bo'lsa, seni chuqur jazolagan bo'ladi dedi. Umar radiyallohu anhu ayolning iffatlik ekanligini ko'rgandan keyin eshikni ochgan, men mu'minlarning amri dedi. Ayol, yolg'on aytding, sen mu'minlarning amri emas dedi. Umar ovozini ko'tarib yuqori ovozda gap qilgan edi. Ayol Umar ekanligini tunib eshikni ochdi. Umar radiyallohu anhu so'zingni davomlashtirgin, nima deding dedi. Ayol ilgirki so'zlarini takrorlab berdi. Umar radiyallohu anhu, ering nada dedi. Ayol, paloni qo'shinda jangda dedi. Umar radiyallohu anhu shu qo'shinga odam avatib, palonining o'g'li palonini avatgin dedi. U kishi Umar radiyallohu anhuning yeniga kelganda, Umar radiyallohu anhu ayolning yeniga borgin dedi. Ondan Umar radiyallohu anhu qizi Hafsa radiyallohu anhaning yeniga kirib, qizim, ayol kishi eridan ayrilishga qanchalik chiday oladi dedi. Hafsa radiyallohu anha, 1 oy, 2 oy, 3 oy chiday oladi. 4-chi oyga borganda savrisi tugaydi dedi. Shuning bilan Umar radiyallohu anhu shuni qo'shinning uyga qaytishiga muddat qilib belgiladi. Ey hurmatli qarindishim, men bilan birga uning fuqarolarga qanchalik amroqligi va kuzatib turishning uning davrida bo'lgan musulmon ummatga hamma yaxshiliklarning kelishiga sabab bo'lganligi haqida o'ylangin. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Balki u ummatga Alloh koinotning hammasini bo'ysundirib berganligi. Agar ular teyilib ketsa, Allohning itoatidan yiroqlab ketsa, butun koinot ularning gunoh masiyatlari tufayli azor yeydiganligi va uning azobga olinadiganligini o'rgatdi. Safiya binti Abi Ubayda radiyallohu anha rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Umarning davrida yer tavradi. Hatto karvatlar silkinib ketdi. Umar radiyallohu anhu kishilarga xutba o'qib, sizlar yangilik, bid'at paydo qildinglar. Oldirab ketdinglar. Agar qayta yer tavrasa, oranglardan chiqib ketaman. Sizlar bilan mangu bu yerda turmayman dedi. Uning odilligi, herisligi va valilarga qilgan nasihatlari. Faruq radiyallohu anhu odillikqa nihoyat amroq edi. Shuning uchun u valilarni bak tanlaydi.
valiylikni xohlaydigan kishilarga valiylikni bermaydi. Balki dunyoga qiziqmaydigan, iffetlik, taqvo kishilarga beradi. Valiylarni tekshirish, ularni yaxshilikqa tavsiya qilishga bek erisman edi. İbn Xuzayma İbn al-Sabit'ten rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi. Ömer radiyallohu anhu bir kishini amalga qo'ysa, uningga to'xtam yezib, muhojir va ansarlardan bir to'p kishilarni guvohlikqa qo'yadi. Ularga otga minmaslik, yaxshi tamoq yemaslik, yumshoq kiyim kiymaslik va kishilarning hojatini qo'yib, ishkini taqvolmaslikni shart qiladi. Bir vaqtda Ömer ibn Xattab radiyallohu anhu kishilarni tekshirib, ularning boshliqlari to'g'riliq so'rab o'tadi. Hemiz ahlining yenidan o'tganida ahvolinglar qandoq, boshliqinglar-chi dedi. Ular: "Ey mu'minlarning amiri, bu yaxshi boshliq, lekin u egiz bir bino silib, shuningda turibdi" deyishdi. Ömer radiyallohu anhu bir parcha xat yozib, xat to'shig'ichisini avatdi va uning binosining ishkiga borganida o'tun yig'ib ishkini ko'ydirib etkin deb buyruq qildi. Xat to'shig'ichi kelgan vaqtda o'tun yig'ib binoning ishkini ko'ydirib etdi. Boshliqning yeniga kishilar kirib, "Bu yerda bir odam binoning ishkini ko'ydirib etdi" dedi. Uni ko'ydirgili qo'yinglar, chunki u mu'minlarning amrining elchisi dedi. Ondan elchi uning yeniga kirib, xatni uningga berdi. U xatni qo'ldan qo'ymay turib, uloqqa mindi. Ömer radiyallohu anhu uni ko'rganida, uni yenimga akelmay 3 kungacha optobda to'xtatib qo'yinglar dedi. U 3 kungacha to'xtatib qo'yildi. 3 kundan keyin Ömer radiyallohu anhu: "Ey Ibn Qurt, men bilan sayliqqa borg'in" dedi. Sayliqda sadiqadan yig'ilgan qo'ylar va tugular bor edi. U sayliqqa kelganda Ömer radiyallohu anhu uning ustiga bir juvini tashladi va kiyimini selib etib, "Buni kiygin" dedi. Ondan uningga chelakni sunib, "Bu tugularni sug'arg'in" dedi. U tugularni sug'urib bo'lmay turibla charchab ketdi. Ömer radiyallohu anhu: "Ey Ibn Qurt, sen boshliq bo'lg'ili qanchalik bo'ldi?" deb so'radi. U: "Uzoq bo'ldi. Ey mu'minlarning amri" dedi. Ömer radiyallohu anhu: "Shunga bino selib musulmonlar, tul ayollar va yetimlardan ulug'roq bo'lay debsanda, amlingga qaytqin. Endi bunda qilmag'in" dedi. Zayd ibn Vahb'dan rivoyat qilinudiki, u mundaq deydi. Ömer radiyallohu anhu qo'lini qo'liga qo'yib, "Ah, issit, voy issit" degan holatda chiqdi. Kishilar uningga "Nima bo'ldi?" deyishdi. Zayd mundaq deydi. Uning bir amaldordan elchi mundaq bir xabarni elib kelibdi. Ular bilan dushman o'tirsida bir daryo tusalg'i bo'lg'achqa, dushman tarafga o'tolmabdi. Ularning boshlig'i: "Bizga suning cho'nqurligini o'lchayalaydigan bir kishini topib kelinglar" debdi. Shuning bilan bir bovay elib kelinibdi. U bovay: "Men sudun qo'rqaman" debdi. Bu havo sovuq vaqt ekan. Boshliq uni majburlab suvga kirgizibdi. Shu hamon bovayga sovuq o'tib ketibdi. Bovay: "Ömer, Ömer" deb to'g'lagan peti suvga cho'kib ketibdi. Zayd mundaq deydi. Ömer radiyallohu anhu amaldorga xat yozdi. Amaldor kelganda Ömer radiyallohu anhu uningdan yuz o'rgan holda bir necha kun turdi. U bir kishiga g'azab qilsa shunda qiladi. Ondan: "Sen o'ldirgan kishi qandoq bo'ldi?" dedi. Amaldor: "Ey mu'minlarning amiri, men uni o'ldirishni maqsad qilmagan edim. Daryodan o'tadigan hech narsa topolmadik. Suning cho'nqurligini bilmoqchi bo'lgan edik. Shuning bilan paloni joylarni fatih qildik. Munchilik g'animatlarga erishdik" dedi. Ömer radiyallohu anhu: "Bir musulmon kishi men uchun sen elib kelgan har qanday narsadan suyumlikdir. Sunnat bo'lib qolmasa edi, kallangni olgan bo'ladi. Berib u bovayning oilasiga diyat to'lam bergin va chiqib ketgin. Seni hamda ko'rib qolmay" dedi. Mughira ibn Hakim as-San'ai otasidan rivoyat qilib mundaq deydi. San'ada bir ayolning eri sirtga chiqib ketdi va u ayolning tarbiyasida boshqa ayoldan bo'lgan asil deb chaqirilgan bir o'g'il bolani qoldirib ketdi. U ayol eri ketgandan keyin bir oshni tutdi va oshnasiga: "Bu bola bizni rasvo qiladi. Uni o'ldirib etgan" dedi. Oshnasi buni rad qilgan edi. Ayol uningdan o'zini tortdi. Shuning bilan oshnasi uningga bo'ysundi. Ondan u kishi yana bir er va heliqa ayol va ayolning xizmatchisi birlashib bolani o'ldirib, jasadini parchalab tog'orga selib, bir tashlandiq quduqqa tashlab etdi. Bu quduq shu yezining bir tarafidagi suvi yo'q quduq edi.
u ayolning oshnasi tutilib bilib jinoyatini iqror qildi. Ondan boshqalarmi iqror qildi. San'aning boshlig'i Ya'la ularning ishini ma'lum qilib Umar radhiyallohu anhu ga xat yozdi. Umar radhiyallohu anhu uningga ularning hammasini o'ldirish to'g'riliq xat yozdi va Alloh bilan qasamki, agar butun san'oliqlar uni o'ldirishga qatnashgan bo'lsa edi, ularning hammasini o'ldirishga buyuraydim dedi. Nima degan go'zal vafo. Faruq radhiyallohu anhu islom uchun oz bo'lsa-mu bir narsa taqdim qilgan kishini hargiz unutib qolmaydi. U nima degan go'zal vafoki, Alloh rahim qilgan kishilardan boshqalarda vafo yo'qolgan bu zamonda biz shundoq vafoga muhtojmiz. Mana bu vafodorlikning katta bir ko'rinishidir. Zayd ibn Aslam otasidan rivoyat qilib mundoq deydi. Men Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan billa bozorga chiqqan edim. Umar radhiyallohu anhu ga yosh bir ayol yetishdi. Ey mu'minlarning amiri, erim kichik bolalarni qoldirib o'lib ketdi. Alloh bilan qasamki, ular tamoq etib yeyolmaydi. Ularga say ko'ktatmi yo'q, sig'ib ichadigan molmi yo'q. Ularning ocharchilikdan o'lib ketishidan ansirayman. Men Xubab ibn Imad al-Ghifari radhiyallohu anhuning qizi. Dadam payg'ambar alayhissalom bilan billa Hudaybiya sulhiga qatnashgan dedi. Umar mangmay u ayol bilan to'xtab turdi. Ondan yaqin tuqqanni qarshi olamaymiz dedi. Ondan ho'ylada bog'liqlik kuchlik bir tugining yeniga qaytib berib, ustiga tamoq bilan to'shqizilgan ikki tavarni ortib, tavarlarning orasiga ta'minot va kiyim-kechaklarni selib, ayolga tugining chulvurini tutqizdi. Alloh sizlarga yaxshilik ato qilg'ichi bu hargiz tugab qolmaydi dedi. Bir kishi, ey mu'minlarning amri, u ayolga ko'p bervatding dedi. Umar radhiyallohu anhu, ey o'lgurning bolasi, men bu ayolning dadasi va qirindishini uzun zaman bir qurg'onni muhosiraga elib, ondan fatih qilgan deb o'ylayman. Keyin biz uningdagi g'animatdan bo'lgan nasibimizni talab qiladigan bo'ldik dedi. Umarning orzusi davomi yo'q dunyoni orzu qilg'uchilarga. Sizlarning hammanglarga Umar radhiyallohu anhuning ana shu orzusini hadiya qilaman. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilinudiki, Umar radhiyallohu anhu hamrohlariga orzu qilinglar dedi. Ularning ba'zisi bu uy oltin bilan to'shqizilsa, uni Alloh yo'lida sarf qilishni va sadiqa qilishni orzu qilaman deydi. Yana bir kishi, men bu uy sayriq qoshtashi va guhar bilan to'shqizilsa, uni Alloh yo'lida sarf qilishni va sadiqa qilishni orzu qilaman dedi. Umar radhiyallohu anhu yana orzu qilinglar dedi. Ular mu'minlarning amri biz bilmadik deydi. Umar radhiyallohu anhu, men bu uyning Abu Ubayda ibn Jarroh, Muaz ibn Jabal, Abu Huzayfaning ozodgardi Salim va Huzayba ibn Yamoniylarga o'xshash kishilar bilan to'shqizilgan bo'lishini orzu qilaman dedi. Allohning taqdiridan Allohning taqdiriga qechiyotimiz. Bu so'zni ummatning Farixi radhiyallohu anhu butunlay jazmiyat va ishonch bilan Abu Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu ga amvas vabosi qissida aytgan edi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Shamga yo'lga chiqdi. Hattoki u Sarq degan joyga kelganda Abu Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu va uning hamrohlaridan tarkib topgan qo'shin qo'mondonlari uning oldiga chiqdi. Ular uningga Shamda vabo yuz berganligini aytdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundoq deydi. Umar radhiyallohu anhu menga dastlab hijrat qilganlarni chaqirib bergan dedi. Umar radhiyallohu anhu ularni chaqirib maslahat soldi va ularga Sham zaminida vabo yuz berganligini aytdi. Ular har xil fikrda bo'ldi. Ularning ba'zisi biz ma'lum bir ish bilan chiqdik. Ularni bu vaboga elib kirmaslikni to'g'ri ko'rmaymiz dedi. Umar radhiyallohu anhu yenimdan turib ketinglar dedi. Ondan u ansariylarni chaqirib beringlar dedi. Ular ansariylarni chaqirdi. Umar radhiyallohu anhu ularga maslahat solgan edi. Ularmi muhojirlar tutgan yo'lni tutdi. Ularmi ularga o'xshash har xil fikrda bo'ldi. Ondan u yenimdan turib ketinglar dedi. Umar radhiyallohu anhu menga bu yerdagi Makka fatihisiga qatnashgan muhojirlar ishidan Quraysh oqsoqollarini chaqirgan dedi. Ularni chaqirgan edim. Ulardan ikki odamni ixtilof qilmay, biz kishilar bilan qaytib ketishingni va ularni bu vaboga elib kirmaslikni to'g'ri deb qaraymiz dedi. Umar radhiyallohu anhu kishilar orasida atigan qaytish uchun safarga otlanaman deb jakorladi. Abu Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu Allohning taqdiridan qochib
qaytib ketamsan dedi. Ömer radiyallohu anhu: "Ey Abu Ubayda, bu gapni sendan boshqa odam qilsa edi. Ha, Allohning taqdiridan Allohning taqdiriga qochiyotimiz. Aytib boqqan, agar sening tugularing bo'lsa, tugularing ikki tarafi bor jilg'iga tushsa, jilg'ining bir tarafi mo'lchilik, bir tarafi qurg'oqchilik, mo'lchilik yerda boqsangmi Allohning taqdiri bilan boqsan. Qurg'oqchilik yerda boqsangmi Allohning taqdiri bilan boqsan emasmi?" dedi. İbn Abbas radiyallohu anhu mundaq deydi: Abdurrahman ibn Avf radiyallohu anhu hojatlari uchun boshqa bir yerga ketgan edi. U kelib, "Menda bu to'g'riliq ilm bor. Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim. Sizlar bir joyga vabo tarqalganini anglasanglar, u joyga kirmanglar. Agar sizlar turayotgan joyda vabo yuz bergan bo'lsa, u joydan chiqib ketmanglar." İbn Abbas radiyallohu anhu mundaq deydi: Shuning bilan Umar radiyallohu anhu Allohga hamda aytdi va qaytib ketdi. Xolid ibn Valid radiyallohu anhuni elib tashlash to'g'risidagi shubha va uning radiya. Tarix kitoblaridagi botil da'vo va yolg'on xabarlardagi ummatning farixi odil. Alloh ko'p qaytquchi Umar radiyallohu anhu Xolid ibn Valid radiyallohu anhuni Umar radiyallohu anhuning qalbidagi adovat sababli yoki Umar bilan Xolidning koni o'chmanligi sababli elib tashlagan degan gumon eng kalvalarcha qilingan gumonlar qatoridandir. Alloh bilan qasamki, men odatdagi rostchil mu'minlarning buningdanmi pok deb bilaman. Ummatning farixi, kuchlik, ishonchlik, olamlarning farvoydigori va payg'ambarlarning sardori tarafidan oqlangan kishi qandoqmi bu ishni qilsin? Ajablanarli yeri shuki, Farix radiyallohu anhu o'zining Xolid radiyallohu anhuni elib tashlashidagi sababini ochiq oshkora bayon qilib mundoq degan: "Men Xolid radiyallohu anhuni g'azab qilganligim yoki xiyonat qilganlik sababdan elib tashlamadim. Kishilar g'albini Xolid radiyallohu anhu sababli deb qarab, Xolid radiyallohu anhu sababli fitnaga tushdi. Men kishilarning Xolidga yo'linib olishidan qo'rqdim. Ularning amaliyotda ishni qilg'uchi Alloh ekanligini bilishini va ularning fitnaga tushib qolmasligini yaxshi ko'rdim." Xolid ibn Valid radiyallohu anhu vafot bo'lgan kuni Umar radiyallohu anhuning uni uzutib qilgan so'zi nima degan go'zal va nima degan shirin ha? Alloh Abu Sulaymonga, ya'ni Xolid radiyallohu anhuga rahmat qilsin. Allohning huzuridagi ne'mat uning hozirgi ne'matlaridan yaxshi. U maqtashga tegishli holda yashadi va baxtli holda vafot bo'ldi. Hayron qolarlik yeri shuki, Umar radiyallohu anhu o'lim ko'ribsidimi, Xolid radiyallohu anhuni unutib qolmagan edi. Uningga mu'minlarning amri xalifa tanlash haqida vasiyat qilgan bo'lsang deyishdi. U mundoq degan edi: "Agar Abu Ubayda radiyallohu anhuni topsam, ondan uni xalifa qilsam, Parvardigorimning oldiga borganda mendan nimishqa uni xalifa qilding deb so'rasa, men sening bandang va yaqin do'sting payg'ambar alayhissalomdan har bir ummatning bir ishonchli kishisi bor. Bu ummatning ishonchli kishisi Abu Ubayda ibn Jarrohdir deganligini anglagan edim" deydim. Agar Xolid ibn Valid radiyallohu anhuni topsam, ondan uni xalifa qilsam, Parvardigorimning oldiga borganda mendan nimishqa uni xalifa qilding desa, men do'stim va yaqin bandam payg'ambar alayhissalomdan Xolid ibn Valid Allohning qilishlaridan bir qilishdir. Alloh uni mushriklarga qarshi sug'urgandir deganligini anglagan edim deydi. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetli anlıqçılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالية. نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli gezizler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlıq kitabının huzuruna sununuz. فالسكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uygurcaga tercüme qiluvchi İslam Chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح
وابكي منيا فملء الكون أسراح. Ömer ibn Xattab radiyallahu anhu, Allah onundan razı olsun. 8. kısım. Beytul Muqaddas'ın fethi kılınışı. Kimki Allah üçün kamtar bo'lsa, Allah uni yuqori ko'taradi. Ana shu katta xushalliq Beytul Muqaddas'ın fethisi sayesinde mu'minlarning amri musulmon ummatiga zohidlik va kamtarlikka misol bayon qiladi. Ibn Kasir rahimahulloh mundaq deydi: Abu Ubayda radiyallohu anhu Damashqdan bekor bo'lganda İliliya ahlini Allohga va islomga yoki jizya to'lashga va yoki jang qilishga chaqirib xat yozdi. Ular Abu Ubayda radiyallohu anhuning chaqiriqiga ovoz qo'shishdan bosh tortdi. Shuning bilan Abu Ubayda radiyallohu anhu o'z qo'shini bilan ular tarafga otlandi. Said ibn Zayd radiyallohu anhuni Damashqda o'rnida qoldirdi. Ondan Beytul Muqaddasni muhosiraga oldi va ularga qiyinchilik paydo qildi. Hattoki ular Umar ibn Xattob radiyallohu anhuning ularning yeniga kirish sharti bilan sulh tuzishga ma'qul bo'ldi. Abu Ubayda radiyallohu anhu bu haqda Umar ibn Xattob radiyallohu anhuga xat yozdi. Umar bu to'g'risida kishilarga maslahat solgan edi. Osman ibn Affan radiyallohu anhu ularni xor va tuvan ko'rish yuzidan ularning yeniga bormaslik maslahatini berdi. Ali ibn Abu Talib radiyallohu anhu ularning muhosira vaqtida musulmonlarning oyoq besishining oson bo'lishi uchun ularning yeniga berish maslahatini berdi. Umar Ali radiyallohu anhuning so'zini yoqtirdi. Osman radiyallohu anhuning so'zini yoqtirmadi. U qo'shinlarni elib u tarafga mondi. O'rniga Madinada Ali ibn Abu Talib radiyallohu anhuni qoldirdi. Qo'shinning oldingi qismida Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallohu anhu mondi. U Shamga borganda Abu Ubayda radiyallohu anhu va qo'shinining boshliqlari uning oldiga chiqdi. Ondan Abu Ubayda radiyallohu anhu uloqdan tushdi. Umar radiyallohu anhu uloqdan tushdi. Abu Ubayda Umar radiyallohu anhuning qo'liga so'ymoqchi bo'lganda, Umar Abu Ubayda radiyallohu anhuning putiga suyishga tamshaldi. Abu Ubayda radiyallohu anhu putini tortib oldi. Umar radiyallohu anhu qo'lini tortib oldi. Umar radiyallohu anhu mangdi. Hattoki u Beytul Muqaddasning xristianlari bilan kelishim tuzdi va ularga 3 kungacha rumliqlarni chiqarib etishni shart qildi. Ondan payg'ambar alayhissalom Isro kechasi kirgan eshikdan kirdi. U Quram tashining yeniga kelib, Ka'bil Ahbar rahimahullohdan uning o'rnini ko'rsatib qo'yishni so'radi. Ka'b rahimahulloh uningga masjidning keyinida qoldirishni maslahat berdi. Umar radiyallohu anhu Yahudilarga o'xshi deyin dedi. Ondan masjidni Beytul Muqaddasning qiblasi tarafga qildi. U bugungi umra edi. Ondan u to'nning bir tarafida Quron tashdan to'pi yo'tkadi. Musulmonlar uning bilan birga yo'tkadi. Abul Aliya ash-Shamiydan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: Umar ibn Xattob radiyallohu anhu qung'ur rang tuyaga minib, Ilila yo'lidagi Jabiyaga kirdi. Uning taqir beshi oftobda paqirab turardi. Uning beshida bosh kiyim yoki salli yo'q edi. Uning putlari o'zangisiz egarning ikki tarafi orasida irg'onlab turardi. Uning ostiga solg'ini Anbijonda to'qilgan yo'nliq kiyim edi. Bu kiyim uloqqa minganda uning selinjisi bo'ladi. Uloqdan tushganda ko'ripsi bo'ladi. Uning bo'g'chisi ichiga o'simlik talasi tiqilgan bir yo'lliq to'n yoki xalat edi. U to'n uloqqa minganda uning bo'g'chisi, uloqdan tushganda yostiqi bo'ladi. Uning ustiga qo'pol raxtdan tikilgan, rasm chizilgan, beqini yirtilib ketgan bir ko'ylak kiyib olgan edi. Umar radiyallohu anhu "Menga kishilarning boshlig'ini chaqirib beringlar" dedi. Ular uningga Jalumasni chaqirib berdi. U "Ko'nglimni yuvib va yamab beringlar. Menga bir kiyim yoki ko'ylak oriyat berib turinglar" dedi. Uningga zig'irdan tikilgan bir ko'ylak keltirilgan edi. U "Bu nima?" dedi. Ular "Zig'ir" dedi. U "Zig'ir degan nima?" dedi. Ular uningga aytib bergan edi. U ko'ylakni soldi. Uning ko'ngligi yuyulib yamaldi va uningga elib kelindi. U ularning ko'ngligini silib etib, o'zininkini kiydi. Jalumas uningga "Sen arablarning podshohi. Bu shaharlarga to'ga loyiq emas. Boshqa kiyim kiyib otqa mingan bo'lsang, rumliqlarning ko'ziga texmi katta ko'rinadi" degan dedi. Umar radiyallohu anhu "Biz Alloh islom bilan aziz qilgan qavmimiz.
biz Allah'tan başka urun basar izlemeyiz dedi. Onunla bir at elip kelindi. Üstüge eğer to'qilmasdan bir adiyal tashlandi. Ömer radiyallohu anhu onunla şu peti minibla. To'xtatinglar. Men buningdan burun kishilarni shaytonga minidu deb o'ylamagan edim dedi. Ondan uning tugisi elib kelindi. U shuningga mindi. Hafiz İbrahim o'zining Umirasida nima degan yaxshi so'zni aytgan-a? Ey dunyo va uning zibbu zinnatidan yuz o'rgan kishi. Seni dunyoning qaymoqtiradigan narsalari qaymoqtirolmadi. Shamliqlar sana chiroyli kiyimlarni kiydirishdi. Oldida ko'rinishi go'zal bo'lgan yaxshi otlar tizilgan, yuguruk otqa seni mindirishni o'ylagan vaqtida Sham darvozasi yenida nimani ko'rding? Ot minguvchisi bilan ko'ranglab asta mangdi. Otlar ichida egizligi bilan go'zal bo'ladiganlari bor. Ondan sen, ey qavmim, hakovurlik meni o'ltirib qo'yg'ili tas qoldi. Manga men bilmaydigan bir holat paydo bo'ldi. Ömer radiyallohu anhu sizlarning dunyoringlarga qiziqib, baqiy dunyo, oxiratni fani dunyo, bu dunyoga setishga rozi bo'lishga tas qoldi. O'lig'imni qaytarib kelinglar. Uning o'rniga boshqa narsa talab qilmayman. Kiyimimni qaytarib beringlar. Bugun menga shu ko'ni kiyimlar yetarli deb tovladi. Tarix ibn Shahabda rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Ömer radiyallohu anhu Shamga kelganda, uningga bir daryo kichikidan o'tishga to'g'ri keldi. U o'tkini selib, qo'lida ko'tarib, tugusini yetilab suga kirdi. Abu Ubayda radiyallohu anhu uningga: "Sen zimin ahlining nazarida katta bir ishni qilding. Mundoq ishlarni qilding" dedi. Ömer radiyallohu anhu uning ko'krigiga urdi va mundoq dedi: "Ey Abu Ubayda, bu so'zni sendan boshqa birisi qilsa edi, sizlar kishilar ichida eng xor, kishilar ichida eng e'tiborsiz, kishilar ichida soni eng oz edinglar. Islom bilan Alloh sizlarni aziz qildi. Islomdan boshqasi bilan azizlikni qancha izlasanglarmi, Alloh sizlarni xor qiladi." Uning ocharchilik yillarida tutgan maydoni. İbn Jazvi mundoq deydi: "Kishilarga qahatchilik, qurg'oqchilik va qattiq ocharchilik yetdi. Hatto yovvoyi hayvonlar insonlarning yeniga kelib, panohlanishga boshladi. Qo'y bug'uzlagan kishimi namrat turib, qo'yning kurimsizligidan yerganib ketadi. Shamol kuniga tuproqni uchirib, so'rib yuratdi. Shuning uchun bu yil kul yili deb atalgan edi. Ömer kishilar hayotlikka erishguncha seriqmoy, süt va go'sht tetibmi boqmaslikka qasam qilgan edi. Ömer radiyallohu anhuning xizmatchisi bir qacha seriq moy va so'g'uq sutni 40 ga setib olib kelgan edi. Ömer radiyallohu anhu: "Bu ikki narsani sadiqa qilib etgan. Chunki men isrofxo'rlik qilib yeyishni yoqtirmayman. Fuqarolarga yetgan ocharchilik menga yetmasa, qandoqmi ularning ishi bilan mashg'ul bo'la olmayman" dedi. Shuning bilan Ömer radiyallohu anhu kishilarni suv tilash uchun yig'di. Payg'ambar alayhissalomning tog'isi Abbos radiyallohu anhuni o'zi bilan birga elib oldi. Ondan: "Ey Alloh, biz qurg'oqchilikqa uchrasak, payg'ambaringni vasila vosita qilib sendan suv tilaydik. Sen bizni sug'argin. Endi biz sana payg'ambarimizning tog'isini vasila qilamiz. Bizga suv bergin" dedi. Ondan Abbos radiyallohu anhudan Allohga duo qilishni talab qildi. Abbos radiyallohu anhu o'rnidan turib: "Ey Alloh, balo musibat faqat gunoh tufaylidan keldi. Tavba bilan ko'tarilib keldi. Men payg'ambaringning tog'isi bo'lganligim uchun kishilar meni vasila qilib sana iltijo qildi. Mana bu qo'llarimiz sana gunohlar bilan suzildi. Ko'kuli chashlarimiz sana tavba bilan egildi. Bizni yomg'ir bilan sug'orgin" dedi. Shuni bilan osmon tog'larga o'xshash yomg'irlarni qo'yibdi. Hattoki zamin mo'lchilik bilan to'ldi va kishilarning moddiy va ma'naviy safar vaqti keldi. Jang, itoat, beg'ishlash va qurbon berish bilan to'lgan uzun hayotdan keyin ummatning Faruxiy radiyallohu anhu ajlining yaqinlab qolganini bildi. U Alloh taolodan ana shu yuksak g'oyasini amalga oshirib berishini umid qilib duo qilishga boshladi. U mundoq deb duo qildi: "Ey Alloh, menga sening yo'lingda shahid bo'lishni rizq qilib bergin. Meni payg'ambaringning shahrida vafot topqizgin." Said ibn Musayyibdan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Ömer radiyallohu anhu Minadan qaytganida sayliqda o'lig'ini cho'ktirdi. Ondan sayliqdan bir dövchak hosil qilib, uning ustiga o'zini tashladi. U kiyimini chaplab o'ngda yotdi
va qo'lini osmonga suzib, ey Alloh, kuch-quvvatim ojizlashdi, yeshim cho'ngaydi, fuqarolarim har tarafga tarqaldi. Meni dargohingga buzg'unchi va haddidan oshquchi emas holatda elib ketgin dedi. Ondan u Madinaga kelib xutba o'qib mundoq dedi: ey xaloyiq, men sizlarga nurg'un sunnatlarni yo'lga qo'ydim, nurg'un belgilamalarni belgiladim. Sizlar kishilar bilan har xil yo'llarga tiyib ketmasanglarla, men sizlarni uchuq yo'l ustida qoldirman. Said mundoq dedi: Zulhajja oyi chiqib ketmay turib Umar shahid qilindi. Balki ana shu shahidlikni tushida ko'rgan edi. Ma'dan ibn Talha al-Mu'ri mundoq dedi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu juma kuni munbar ustida turib Allohga hamd va sano aytdi. Ondan payg'ambar alayhissalomni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni tilga oldi. Ondan mundoq dedi: Men bir tush ko'rdim. Men buni ajalimning yaqinlab qolganligiga bishorat deb o'ylayman. Tushimda meni bir xo'roz ikkini cho'qib tush ko'rdim. Tushimni Asmod ibn Umaysga so'zlab bergan edim. U seni ajamlardan bir kishi o'ltirdi-kan dedi. İlgari payg'ambar alayhissalom uningga shahidlik bilan xush xabar bergan edi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinudiki, u mundoq deydi: payg'ambar alayhissalom Uhud teg'iga chiqdi. Uning bilan Abu Bakr, Umar va Osman radhiyallohu anhumlar bor edi. Ondan tog' titrab ketdi. Payg'ambar alayhissalom puti bilan tog'ni tepib turib: ey Uhud, jim turg'in. Ustonda bir payg'ambar, bir siddiq va ikki shahid bor. Payg'ambar alayhissalom Umar radhiyallohu anhuning ustida yuyulgan bir kiyimini ko'rib, bu kiyiming yengimi yoki yuyulganmi dedi. Umar radhiyallohu anhu: ey Allohning payg'ambari, yuyulgan dedi. Payg'ambar alayhissalom: yangi kiygaysan, maqtilib yashag'aysan, shahid holatda vafot topqaysan, Alloh sana dunyo va oxiratda xursandlik ato qilg'ay dedi. Sahihil Buxoriyda kelishicha Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu: qaysinglar payg'ambar alayhissalom fitna to'g'risidagi so'zlarni yod biladi dedi. Uzayfa: men payg'ambar alayhissalom degan fitnani yod bilaman dedi. Umar radhiyallohu anhu so'zlab bergan: sen haqiqatan jur'atli kishisan dedi. Uzayfa radhiyallohu anhu: payg'ambar alayhissalom mundoq degan: kishining oilasi, meli va qo'shnisi haqida fitnaga tushganligiga namoz, sadiqa, yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish kaforat bo'ladi. Umar radhiyallohu anhu: bu emas, dengizning to'lqinidek to'lqinlab keladigan fitnalar dedi. Uzayfa radhiyallohu anhu: ey mu'minlarning amiri, uningdan sana ziyon yo'q. Sen bilan ularning o'tirisida taqalgan darvoza bor dedi. Umar radhiyallohu anhu: darvoza ichilamdi yoki sunamdi dedi. Uzayfa radhiyallohu anhu: sunudu dedi. Umar radhiyallohu anhu: undaqda u taqalmaslikqa eng loyiqdir dedi. İmam Navaviy mundoq deydi: ehtimollik shuki, Huzayfa Umar radhiyallohu anhuning o'ldirilganligini bilgan, ammo u uningga o'ldirish degan so'zni ishlatishni yomon ko'rgan. Chunki Umar radhiyallohu anhu o'zining darvoza ekanligini bilatdi. Shunga Huzayfa radhiyallohu anhu o'ldirilish degan so'zni ochiq aytmasdan maqsad hosil bo'ladigan iborani keltirgan. Shahidlikka erishish. Ana shu buyuk g'oya Alloh uning payg'ambar alayhissalomning shahirida shahidlik ato qilishi amalga oshadigan vaqt keldi. Amir ibn Maymun radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinudiki, u mundoq deydi: Umar radhiyallohu anhu musibatga uchragan kuni men bilan uning orasida Abdullah ibn Abbas bor edi. U ikki safning orasidan o'tsa, tusturinglar deydi. Hattoki ularning orasida yuchuq ko'rmagan chaqda oldiga o'tib takbir aytadi. Ba'zida kishilar to'plashib bo'lguncha birinchi rak'atda sura Yusuf yoki sura Nahl yoki shuningga o'xshash suralarni o'qiydi. U boshlash takbirni aytgan hamon meni o'ltirdi yoki ishtiydi deganini angladim. Bu uningga pichoq tiqilgan vaqt edi. Shuning bilan qotil ikki bisliq bir pichoqni elib, uchqandek mengib, o'ng so'l tarafdan kimning yenidan o'tsa shuningga pichoq tiqdi. Hattoki 13 odamga pichoq tiqdi. Ulardan 7si shahid bo'lib ketdi. Musulmonlardan bir kishi buni ko'rib qotilning ustiga bir kiyimni tashladi. Qotil o'zining tutilib qolganligini bilib, o'zini bo'g'izlab oldi. Umar Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhuning qo'lini tutib, imom bo'lish uchun oldiga o'tkazdi. Umar radhiyallohu anhuning yenidagilar men ko'rganni ko'rdi.
Masjidning atrofidagilar faqat uning ovozini yo'qitib qo'ygandan boshqani bilmaydi va Umar radhiyallohu anhuni xatolashdi deb o'ylab subhanalloh deydi. Abdurrahmon radhiyallohu anhu ularga yengil namoz o'qib berdi. Yana bir rivoyatda Umar radhiyallohu anhu bilmasdan kishilar oldida qilib qo'ygan gunohi bor deb o'ylab Ibn Abbas radhiyallohu anhuni chaqirdi. U Ibn Abbas radhiyallohu anhuni yaxshi ko'radi va o'ziga yaqin qiladi. U xaloyiqlar ichidan buni qilgan kishilarni bilib kelishini xohlayman dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu sirtga chiqdi. U qaysi kishining yenidan o'tmasin, ular o'zining tunji bolasidan ayrilib qolgandek yig'layotdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Onda men Umar radhiyallohu anhuning chiroyida xursandlikni ko'rdim. U mundaq deydi. Kishilar qaytib ketgan vaqtda Umar radhiyallohu anhu qarab baqqan. Meni o'ldirgan kimkan dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu birdam aylanib qaytib kirib, Mughiraning quli ekan dedi. Umar radhiyallohu anhu "Heliqi hunarvanmi?" dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu "Ha" dedi. Umar radhiyallohu anhu "Alloh uningga la'nat qilsin. Uni yaxshilikqa buyurgan edim. Mening o'limimni islom da'vosi qiladigan bir kishining qo'lida qilmagan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Sen va sening otang Madinada yovi eshaklarning ko'payishini yaxshi ko'ratdinglar" dedi. Kishilar ichida Abbosning qo'li eng ko'p edi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu "Agar xohlasang ularni o'ldirib yetayli" dedi. Umar radhiyallohu anhu "Yolg'on aytdim. Ular sening tilingda so'zlagan, qiblanglarga qarab namoz o'qigan va sizlar haj qilgandek haj qilgan tursimi o'ltiramsan" dedi. Ondan biz uning bilan birga maqduq. Yana bir rivoyatda ondan Umar radhiyallohu anhudan qon ko'p eqib ketib bo'shidan ketdi. Bir to'p kishilar bilan uni ko'tarib uyiga elib kirdim. Umar tong yurg'icha behush holatda yotdi. Ondan yuzimga qarab, "Kishilar namoz o'qib bo'ldimi?" dedi. Men "Ha" dedim. U namozni tashlagan kishida islom yo'q dedi. Ondan tahorat elib namoz o'qidi. U mundaq deydi. Xuddi shu kundan burun kishilarga musibat yetib boqmagandek edi. Ba'zilar hech qisi yo'q dedi. Ba'zilar uningdan ansaravatimiz dedi. Ondan uningga sharbat elib kelindi. Uni ichgan edi, uni yondiribdi. Ondan sut elib kelindi. Sutni ichgan edi, jarohat ig'izidan chiqib ketdi. Shu chaqda ular uning vafot bo'ladiganligini bildi. Ondan biz uning yeniga kirdik. Kishilar uni maqtashga boshladi. Yosh bir kishi kelib, "Ey mu'minlarning amri, Allohning sana bergan xush bishorati va payg'ambar alayhissalomga hamroh bo'lganliging bilginingdek islomga ilgari kirganliging bilan xushal bo'lgin va xalifa bo'lib odillik qilding va shahidlikka erishding" dedi. Umar radhiyallohu anhu "Men bularning mening foydamga emas, ziynimga emas, udulluq bo'lishini orzu qilaman" dedi. Yelqi yosh yigit ketgan vaqtda uning ishtini yerga tegib turadi. Umar radhiyallohu anhu u yigitni yanimga qaytirib kelinglar dedi. U mundaq dedi: "Ey qarindishimning o'g'li, kiyimingni ko'tarib olgan. U kiyimingni uzoqroq qoldirdi. Farvardigoringga texim taqvo qiladi" dedi. Bir rivoyatda Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq dedi: "Men Umar radhiyallohu anhuga jannat bilan xush bishorat olgan. Sen payg'ambar alayhissalomga uzun muddat hamroh bo'lding. Mu'minlarning ishiga ega bo'lib, ularni kuchlantirding, omonatni ado qilding" dedim. U menga: "Jannat bilan bergan xush bishoratingga kelsak, Alloh bilan qasamki, dunyodagi hamma narsalar bilan qo'shilib mening bo'lgan bo'lsa, ahvolning qandoq bo'ladiganligini bilishdan burun oldimdagi qo'rqinishdan qutulish uchun hammani fidya qilib berayotgan bo'lardim. Mu'minlarning ishi to'g'risidagi so'zingga kelsak, Alloh bilan qasamki, u mening foydam bo'lma emas, ziynimga emas, udulluq bo'lishini orzu qilaman. Payg'ambar alayhissalomga hamroh bo'lishdagi so'zingga kelsak, u shundoq dedi." Sahabi mundaq deydi. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq degan. Umar radhiyallohu anhuning beshi quchqumda edi. U mangzimni yerda qo'y dedi. Uning mangzini yerda qo'ydim. U: "Agar Parvardigorim menga rahim qilmasa, holimga voy, onamning holiga voy" dedi. Qabrida Allohning do'sti payg'ambar alayhissalomga va Abu Bakr radhiyallohu anhuga hamroh bo'lish. Farq radhiyallohu anhu hayotining oxirida o'g'liga mundaq dedi: "Ey Abdullah ibn Umar, zimmamdagi qarzni tekshirgin. Ularni hisoblagin. Ular uni tekshirgan edi 86 ming yoki shuningga yaqin ekanligini bildi." Umar radhiyallohu anhu:
Agar Umar radhiyallohu anhuning oilasining meli yetsa, qarzni shularning mollaridan to'lagan. Agar yetmasa, Adi ibn Ka'b jamoatidan so'rag'in. Ularning mollari yetmasa, Qurayshlardan so'rag'in. Ulardan boshqalarga o'tmagan. Bu molni mendan ado qilgan. Mu'minlarning onasi Oysha radhiyallohu anhaning yeniga berib, Umar sizga salom deydi, degan. Mu'minlarning amri demagin. Chunki men bugun mu'minlarning amri emas. Ondan Umar ibn Xattob ikki hamrohi yeniga dafn qilinishni uchun ruxsat so'raydi degan. İbn Umar radhiyallohu anhu Oysha radhiyallohu anhuga salom berib, Oysha radhiyallohu anhaning yeniga kirgan edi. Oysha radhiyallohu anhani yig'lab o'ltirgan holda topdi. U Umar ibn Xattob sizga salom deydi va ikki hamrohining yeniga dafn qilinish uchun ruxsat so'raydi dedi. Oysha radhiyallohu anha men u o'rinni o'zimga iroda qilgan edim. Bugun u o'ringa Umarni o'zimdan a'lo bilaman dedi. Abdullah radhiyallohu anhu kelganda mana Abdullah ibn Umar keldi deyildi. Umar radhiyallohu anhu meni yo'lab turg'izinglar dedi. Bir kishi uni o'ziga yo'lab o'ltirg'izdi. Umar radhiyallohu anhu qandoq bo'ldi dedi. Abdullah ey mu'minlarning amri sen yaxshi ko'radigan ish bo'ldi. Oysha radhiyallohu anha ruxsat qildi dedi. Umar radhiyallohu anhu Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Menga buningdan muhim ish yo'q edi. Men o'lsam meni ko'tiringlar. Ondan sen berib salom qilgin. Ondan Umar ibn Xattob ruxsat so'raydi degan. Agar Oysha radhiyallohu anha menga ruxsat qilsa, elib kiringlar. Rad qilsa, musulmonlar qabristonligiga qaytarib yetinglar dedi. Mu'minlarning onasi Hafsa radhiyallohu anha va uning bilan birga ayollar menib keldi. Biz uni ko'rganda turib ketdik. Hafsa radhiyallohu anha uning yeniga kirib birdam yig'ladi. Yana erlar kirishga ruxsat so'radi. Men uning yeniga kirdim. Biz Hafsa radhiyallohu anhaning ichida turib past ovozda yig'lab, ey payg'ambar alayhissalomning hamrohi, ey payg'ambar alayhissalomning qaynotasi, ey mu'minlarning amri deb yig'laganligini angladik. Umar radhiyallohu anhu anglagan so'zlaringga chidab tura olmayman. Üstünde mening haqqim bo'lganligi sababli menga buningdan keyin hozir aytishingdan bearam bo'laman. Ammo ko'zingga men ega bo'la olmayman dedi. U mundoq deydi. Kishilar ey mu'minlarning amri vasiyat qilib xalifa bekitgan deyishdi. Umar radhiyallohu anhu bu ishga payg'ambar alayhissalom ulardan rozi holatda vafot bo'lgan. Bu kishilardan loyiqroq kishi bor deb bilmayman dedi-da, Ali, Osman, Zubayr, Talha, Said va Abdurrahman radhiyallohu anhumlarning ismini atadi. Yeninglarga Abdullah ibn Umar keladi. Uning xalifalikdan hech qanday ishi yo'q. Umar Abdullahga tasalli bermoqchidek qiladi. Agar xalifaligi Said radhiyallohu anhu erishsa mayli. Agar undoq bo'lmasa, xalifa qaysinglar bo'lsanglar uni yordamchi qilsin. Men uni susluq qilganligi yoki xiyonat qilganligi sababli elib tashlamadim. U yana mundoq dedi. Mendan keyingi xalifaga dastlabki muhojirlarning haqqini tunishni va hurmat qilishni, qo'g'dashni vasiyat qilaman. Uningga yana muhojirlardan burun Madinada o'rinlashgan va iymoni kuchli bo'lgan ansarlarga yaxshilik qilishni, ulardan yaxshilik qilganlarni qabul qilib, yomonlik qilganlarni afv qilishni vasiyat qilaman. Uningga yana shaharlardan kelganlarga yaxshilik qilishni vasiyat qilaman. Chunki ular islomning qo'g'dog'ichilaridir va sonning ko'pligi kuch-quvvati bilan dushmanni g'azablantiruvchilardir. Ularning hojididan oshqanni ularning roziligi bilan ilishni vasiyat qilaman. Uningga yana sahroliklarga yaxshilik qilishni vasiyat qilaman. Chunki ular arablarning asli va islomning asli moddasidir. Ularning mollarining o'ttir hollaridan elib, kambag'allarga berilishni vasiyat qilaman. Uningga yana Allohning kepilligidagi va Allohning rasulining kepilligidagi kishilarning ahdiga vafo qilinishini va ularni qo'g'dash uchun urush qilishni va ularning kuchi yetmaydigan ishlarga taklif qilmaslikni vasiyat qilaman. Umar radhiyallohu anhu qabzi ruh bo'lganda uni elib chiqdik. Ondan piyoda mangdik. Abdullah ibn Umar Oysha radhiyallohu anhuga salom berib, ondan Umar ibn Xattob kirishga ruxsat so'raydi dedi. Oysha radhiyallohu anha uni elib kiringlar dedi. U elib kirilib, ikki hamrohi payg'ambar alayhissalom bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning yeniga dafn qilindi. Sahobalarning uningga o'qigan madhiyalardan xushpuroq bir dasta
Abu Vail mundoq deydi. Yanımızga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kelib, Ömer radiyallahu anhuning o'lim xabarini yetkizdi. Men Abdullahning uningdanmi ko'p yig'ilgan va uningdanmi ko'p g'amkin bo'lganini ko'rmagan. Ondan u Alloh bilan qasamki, men Ömerning itini yaxshi ko'rganligini bilsam edim, menmi yaxshi ko'ratdim dedi. Huzayfa radiyallahu anhudan rivoyat qilinadiki, Ömer ibn Xattob radiyallahu anhu vafot bo'lgan kuni mundoq dedi. Bugun musulmonlar islom halqisini tashladi. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuga Ömer radiyallahu anhu haqqida nima deysan deyildi. U Allohning rahmati Abu Hafsaga bo'lsinki, u islomning do'sti, u yetimlarning panohgohi, iymonning o'rni, yaxshilikda chekiga yetgan, ojizlarning so'rinchi, xalifalarning qo'rg'oni edi. U islomni qo'g'dug'ichi, kishilarga yordamchi, dinni g'olib qilganga qadar Allohning haqqini sabr qilgan va savob umid qilgan holda bejirgan kishi edi. U shaharlarni fatih qilgan, Alloh azza va jallani har joyda asligan. Boyashatliq va qattiqchilikda Alloh uchun tamkin bo'lgan. Har vaqt Allohga shukr etgan kishi edi. Alloh uni yomon ko'rgan kishiga qiyomat kishiga pushaymonlik qoldirib qo'ydi. Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallohu anhu mundoq deydi. Men Ömer ibn Xattob radiyallohu anhuning qo'shnisi edim. Kishilar orasida Ömerdanmi afzal kishini ko'rmadim. Uning vaqti kechasi namoz o'qish, kunduzi ro'za tutish va kishilarning hojatini qamdash uchun etadi. Huzayfadan rivoyat qilinadiki, islom Ömer radiyallohu anhuning davridan tartib, xuddi kelayotgan odamdek barg'on sari yaqinlab kelyotdi. Ömer radiyallohu anhu o'ldirilganda islom xuddi ketayotgan odamdek barg'on sari yiroqlab ketdi. Ibn Abbas radiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qilinadi. Ömer radiyallohu anhu karvatida qo'yildi. U ko'tarilishdan burun uni duo qiladigan va namoz o'qiydigan kishilar o'rib oldi. Menmi ularning orasida bor edim. Mo'ramni bir odam tutib cho'chitibdi. Qarasam Ali ibn Abu Talib radiyallohu anhu ekan. U Ömer radiyallohu anhuga duo qildi va mundoq dedi: "Sendinmi bak, men Allohga sening amalingga o'xshash amal bilan uchrashni umid qiladigan hech kimni qoldirmadim. Alloh bilan qasamki, men Alloh seni hamrohing bilan billa qiladi deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, payg'ambar alayhisalomning ko'p qatim men Abu Bakr va Umar radiyallohu anhu bilan bordim. Men Abu Bakr va Umar bilan kirdim. Men Abu Bakr va Umar bilan chiqdim deganligini anglagan edim." İbn Abbas radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Umar radiyallohu anhuni ko'p aslanglar. Chunki uni aslasanglar, odillikni aslaysizlar. Odillikni aslasanglar, Alloh tabaraka va taolani aslaysizlar. Biz bu ulug' sahoba bilan xo'shlashgan vaqtimizda shundoq demay tura olmaymizki, Alloh sana bizning nomimizdan, islom nomidan va musulmonlar nomidan yaxshi mukofot bersin. Butun dunyoga xush hidi purab turgan xushpuroq tarixingdan biz nurg'un narsalarni o'rgandik. Tarix peshonasiga nurdan bo'lgan qurlar orqali yozgan maydonlaringdan nurg'un narsalarni o'rgandik. Jinimiz tinimizda bo'ladi ekan. Biz seni hargiz unutib qolmaymiz. Alloh sendan rozi bo'lsin va seni rozi qilsin. Bizni va seni o'z jannatida va o'zining rahmat makonida o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-birimizga qarishib o'ltirgan holda jam qilsin. Amin. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetli anlıqçılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزته تسمو به للعالي.